Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Salatu vesselam ala Resulillah. Amma ba'd. Assalamu alaikum ve rahmetullahi ve berekatuhu. Dünyanın her qaysi joylarida muhacirlikda ketayotgan, xalqi uchun, dini uchun, vatani uchun xizmat qilayotgan barliq muhacir qarindoshlar bilan birlikda bugun yana bir muhim suhbatimizni ilib boramiz. Hurmatli mehmonimiz Mansur Hacim bilan birlikda sizlar bilan birlashib bir niyat bir maqsadda bugungi jamiyatda yeyilayotgan fitna fasodlarning oldini olish, tarixda yuz bergan masalalarni texmi yeyib cho'ngaytish emas, balki uning tajribasini, uningki ibratini olish uchun ma'lum tarixiy voqealiklarni bugun o'tirg'a olib chiqishimiz mumkin. Sizlar bilan birlikda ekranimizda telefon nomerimiz bor. Her zaman dünyanın her qaysi joylarida bizga ayrim xat yozayotgan, ayrim so'z qilayotgan qarindoshlar bor. Naq maydonga telefon qilib, qanday fikringlar bo'lsa, naq maydonda o'tirib qo'ysanglar bo'ladi. Shu ekranning oqida fikr qiladigan qarindoshlarning ko'pligidan men yuzlarcha qatim deb ketdim. Naq maydonga telefon qilinglar, qanday so'zinglar bo'lsa, g'iybatga, shikoyatga, fitnaga aylanib qolmasin deb kelyapmiz. Ammo bugunga qadar naq maydonga telefon qilgan qarindoshlar intayin oz chiqyapti. Ammo u kishining keyindan va yoki ekranning keyinda har xil so'zlarni yozayotgan, gaplarni qilayotgan qarindoshlarimiz nihoyatda ko'p bo'ladi, aziz qarindoshlar. Xo'sh, oldi bilan bugun Qirg'izistonda yuz bergan, ya'ni tashkillangan Xitoy tajovuzchilarininki Qirg'izistondagi tajovuzchilik harakatiga qarshi ilib borilgan qirg'iz qarindoshlarimizning namoyishini qutlayman. Ularni hurmatlayman va ularga rahmatimizni bildirish bilan so'zimni boshlayman. Undan boshqa yaqinda Rossiyada ilib berilmoqchi bo'lgan, 2-oyning 5-kuni Rossiyada ilib berilgan Turkistonliklarningki cho'ng tipdagi namoyishini qutlayman. Ularga rahmatimni bildiraman. Ya'ni o'zbeklar tashkillagan bir namoyish. Ya'ni Turkistonda Qirg'iz, Qozoq, o'zbek qarindoshlarimiz jiddiy bir uyg'unish ichiga kiryapti. Uning uchun bizning bu ikram butun dunyo bilan birlashgan holatdagi qiziq nuqtalarni jamiyatga olib chiqish, Uyg'ur qarindoshlarimiz bilan birlikda tahlil qilish, birlikda suhbat ilib berish orqali davomli tetik holatimizni, jasur holatimizni, umidlik holatimizni, umidsizligimizni yo'qotish uchun bizningki qaraydigan bir ekranimiz bo'lishqa xizmat qilamiz, aziz qarindoshlar. Men so'zni Mansur Hacimga beraman. Bugungi qiladigan suhbatimiz Mansur Hacimninki bundan keyingi tashkilotlar o'rtasida bo'ladigan plan va yoki birlik, hamkorlik haqidagi plan projelerini o'tirib qo'ydi. Undan boshqa biz aynı zamanda Orta Asya'da yuz bergan ba'zi masalalarni tilga olishimiz mumkin edi, ammo qarindoshlarning talabiga asosan bularni so'zlashning nima hojati bor degan bir qancha imkonslar tushdi menga fikrim haqida va oldida. Ularning fikriga asosan buni men nihoyat ko'chilab yoki tigidan so'ramayman. Buni balkim nihoyat qisqa o'tib ketishimiz mumkin Orta Osiyo masalasini. Agar qarindoshlar jiddiy talab qilib qolsa, uni qaytadan programma qilib, uni tilga olsak bo'ladi. Ikkinchi masala Afg'oniston masalasi. Aynı zamanda xalqimiz ichidan Xitoy zulmiga qarshi chiqqan va yoki chet eldagi bir qism kishilarningki Xitoyga qarshi ilib berayotgan harakatlarning Afg'onistondagi ko'rinishini deb o'tib ketamiz. Ya'ni Mansur Hacim buni meningki so'ragan savollarimga asosan deb o'tib ketish mumkin. Undan boshqa xalqaroda bormi yo'qmi deb talash tortish qilinayotgan, ya'ni mayli Birlashgan Davlatlar Tashkiloti bo'lsin, mayli Yevropa Ittifoqi bo'lsin, Sharq Turkiston Islom partiyasi degan bu partiyaningki a'zolari va xizmatlari degandek masalalarda bir qism mulohazalarni olib boramiz. Maqsad uchib yurgan quruq gaplarni tugutish, haqiqiy ahvollarni shu ishning egalaridan, shu ishni ko'rgan va yoki shu ishning asli ahvolini bilgan qarindoshlardan so'rash aziz do'stlar. Undan keyin Suriya masalasi. Suriya masalasidan yaqinqi 3-4 kundan beri jiddiy qiziq nuqta bo'layotdi. Yevropa, Amerikadagi qarindoshlar bilan Turkiyadagi qarindoshlarda biroz fikriy surkilish
o'tirg'i chiqyotdi. Buni ochiqlab o'tish uchun Mansur Hacimninki so'zlarini anglaymiz. Ya'ni bugungi mujohid deb atalgan shu qarindoshlarimiz zodi nima ish qilyotdi, o'rtada nima ishlar bor. Yevropadagi bir qism insonlarningki diginiga o'xshagan ular Sharq Turkiston masalasida yuz o'rib ketdimi yoki Sharq Turkiston uchun o'zining mujohidalasini davom qilyaptimi? Albatta bu ishni biladigan, bu ishning ahlidan buning javobini olishga bugun tirishimiz aziz qarindoshlar. Xo'sh. Assalomu alaykum Mansur Hacim, ishkironimiz xush keldi. Alloh rozi bo'lsin. Va alaykum assalom va rahmatullohi va barakatuh. Oldi bilan dunyoning har qaysi joylarida yashayotgan aziz muhojir, mujohid, musafir qarindoshlarimga Allohning salomi ularga bo'lsin, Allohning rahmati ularga bo'lsin. Cenab-ı Allah ümmelerine öz panohida saqlab, vatanimizdan hijrat qilib chiqqan vaqtida qanday niyat qilgan bo'lsak, shu niyat, shu to'g'ri maqsadlarimizga Cenab-ı Allah yetkazishimiz uchun ümmelerga Allohning salomi bo'lsin. Allah razı olsun, sizni qisqacha tonuyla. Bugün deyishadigan masalalar biroz murakkab ham biroz cho'ng va tarixiy bir masala bo'lganligi uchun vaqtimiz qis. Buning uchun sizningki bugün biroz keskinroq paranglashishni o'ylashdim. Xalqimiz shuni xohlaydi. Sizning so'zlarini bo'lib etsam bo'lamdi. Masalan, chunki ba'zi masalalar kirgandan ayt ishkillab ketib qilishimiz mumkin. Sizlar bilan keskin şekilde bu sohbet şekilde paranglasam bulamdı yoki sizni so'zlatib qo'yib men o'zimninki mashg'ulotini ya'ni sizninki ya'ni bu ziyorat xarakterida bir sohbet ilib boramdiq. Sizlar bunga bir javob beraversizlar, chunki buning fikri bek jiq tushdi qarindoshlardan. Buningki sohbatimizni boshlaylik. Bu mesele men demoqchi bo'lgan mesele yoki mening yoki shaxsimning yoki bir mesele emas. Hem Türkistanlık qarindoshlarning meselesi shundaqla sizning o'xshashlar bilan bir o'xshash bizning o'rtaq meselemiz. Buning uchun men hozir birinchi ikkiramga kirishim hayotimda tahe. Buning uchun siz bizning qarindoshi o'xshash vatan millat dinimiz uchun yo'limiz qo'yayotgan shu haqda qanday qilib bir xalqimizning ustiga yerga bir yetkida xizmat qila olaman deb tirishayotgan qarindoshimiz. Bunun için qandaq nim bo'lsa men bilib, eshib ketsam to'xtatib, uning uchun nima qilishingizni arzu qilaman. Allah razı olsun. Yani bizning bu e'lonimizni taxminan 10 ga yaqin qarindoshimiz ham bahrilab ekan, xursand bo'ldim. Aslında 100 ga yaqin yoki 1000 ga yaqin qarindoshlarimiz ham bahrilagan bo'lsa, bir-birimizni qo'llashninki buningki ifodasini biz ko'ralaydik, ammo yana shu qarindoshlarımızga tekrar rahmat aytaman. Undan boshqa bu bir suhbatni qiyg'icharlikda bir qancha hafta biz paranglashimiz, maslahatlashimiz aziz qarindoshlar va suhbatga chiqmoqchi bo'lgan Mansur Hacimga o'xshagan mehmonlarimizmi nurg'un o'ylanishlar, nurg'un suhbat orqali bu yerga keladi. Uning uchun bu suhbatimizning texnik ko'p qarindoshlarga yetishi uchun ham bahrilash ko'nikisini bossanglar, men qo'limdagi telefonda ham bahrilash ko'nikisini bosaman deb telefonga qarab olaman. Sizlar besib bersanglar men ko'proq suhbat bilan mashg'ul bo'laman aziz qarindoshlar. Suhbatimiz taxmi canlıq bir şekilde, menfaatlik bir şekilde, ma'nolik bir şekilde davom qiladi aziz do'stlarim. Sizlarga o'tindig'im shu. Mansur Hacim o'zlarini biz qisqacha tunib o'taylik. Sizlar chet elga chiqqali 23 yildan ishibdi. E'longa shuni yozdim. Yani burunqi chet elga chiqqanlarninki keyin chiqqan bir avlod, yani bizning ishimizga nisbatan eng burun chiqqan kishilar chet elga. Bu jarayonda nurg'un narsani ko'ribdi bugungacha. Sizningki bormagan sorun, qatnashmagan faoliyat, şirketler asosiyatdan qolmabdi. Sizni qisqacha tunib o'taylik, undan keyin suhbatimizni davom qilaylik. Marhamat. A'udhu billahi minash shaytonir rojim. Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillahi robbil alamin. Assalatu wassalamu ala rasulihi Muhammad va ala alihi va ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Bundan bilan jami' olamni ma'qulchi mehribon egamiz Janob Allohga hamd etgandan keyin
Şundaqla Cihanlı Nur bütün insaniyetke şeref elip gelgeci Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'e durup yollagandan keyin sözümüzü başlaymiz. Ben üzemni konuşturup ötsem 1995 yılı 10. ayda biz vatandın Beşkek çıkıp Kırgızistan'ın payitahtı Beşkek. Bu yerde ben Hüseyin Can Qarım degan kardeşimiz bilan birga chiqqan ikkimizniki chiqish xatimiz edi. Kırgızistan'dan 2 oylik u yerda turish orqali Turkiyaga kelib, Turkiyada bir 2 oy turgan bo'ldik. Chunki hammalarga ma'lumlik, biz vatandagi vaqtimizda 95 Xitoyninki hozirgidek chekdan oshmagan bo'lsa-mu, vaqtida hammalarga ma'lumlik doimiy zulmi davom etayotgan vaqtlar. Allah'a nispeten mesela dini, bilim elevatlarına nispeten daimi kurma hayatı, suram hayatı diyendek daim zulüm devam sürüyor kalmaktadır. Şu Allah'ın özüde biz Allah'ınki hidayeti bilen bir xil kalbimizge Cenab-ı Allah'ınki belgen hidayeti bilen uyguluş, peyda oluş arkalı chet elge hicret kılıp çıkan bulduk. Yani chet elge hicret kılıp çıkıştaki mescidimiz barlıq qarindaşlarga o'xshagan bizning shu chet elga chiqib erkin dunyoda vatanimizda qilinmagan tayyorliklarni, vatanimizda o'rganilmagan bilimlarni o'rganish orqali shu vatanimizda zulm chekayotgan qarindoshlarimizni shu zulmdan qutqizamiz degan iroda bilan chiqqan bo'ldik. Turkiyaga keldik. Biz o'z vaqtida vatanda Turkiyaninki chiqqan ba'zi tashkilotlarning chiqargan ba'zan gazetlari maxfiy bazı vatansever qarindoshlar orqali vatanga kirgan bo'lsa, ularni bulun chiqaqlardan izlab yurib tepib, shu gazetlarni qo'ynimizga sulab, qattiq o'qib, hayajonlanib, shu vaqtda shu gazet bilan tutib olsa, hayot ketadigan yoki bir necha yillik turmaga so'nib ketadigan bo'lgan bo'lsa-mu, shu gazetlarni o'qish orqali umidvor bo'lib, chet elga chiqsak, jiq narsalarni o'rganalayotganmiz. Ve bilmegeni bilalayotganmiz, tayyorliklarni qilalayotganmiz degan niyat bilan Turkiyaga kelgan bo'ldik. Turkiyaga kelgan chiqqandan keyin u vatanimizdagi anglagan gazetida yozilgandek hamma narsa hammaga ma'lum bo'lgandek chet elga chiqqandan keyin amaliy reallikni ko'rgandan keyin bizmi cho'q desa ba'zan umidsiz bo'lgan bo'ldik, ammo yana lekin Alloh bizni bu yerga chiqqan ekan, cho'qim bir yo'lga cho'q niyetimizden doğru bulurken doğru yolu başlaydı diyen iradımdan yani izlengen bulduk. Bu yani bir 2 ay tutup 2 ay tuğandan keyin hiçbir bizden izlegen dersimiz bu vakitlarda yok oldu mesela. Bazen diğerdeki bilimlerini eliş. Ondan keyin Mısır'daki bazı qarindoshlar bilan aloqa etgan bulduk. Mısır'da birodarlardan aloqa qilib ben Mısır'a bir berib kelay. Hüseyin Can Qarım qarindoshimiz bilan biz Türkiye'ye bir 2 ay turib, o dedi ki biz heremge berib evvelen ejqilayli, en yakı bir yerge manaylı degan ki, yani bizim vatandan chiqqandagi o kalbimiz o xalqimizni o zulmdan qutqizishga bo'lgan tashnaligimiz, orzuyimiz üstün kelib, ben şu vaqt Hüseyin Can Qarım bilan biz bu yerga hech qiyg'ilicha chiqmadik. Biz ayadagi xalqimizni zulmdan qutqizish uchun yo'l izlashga ve tirishishga bir xizmat qilish uchun chiqdik deb men Misrdagi o'qiyotgan qarindoshlarni tashkil berib, shu yerninki ahvollarini egallay degan niyat bilan Turkiyadagi ay to'g'andan keyin Misrga ketgan bo'ldim. Misrda taxminan 1 yil turdim. Urgun qarindoshlar bilan nihoyatda do'stona qarindoshligimizni kuchaytirgan bo'ldik. Dardlarimizni bir-birimiz bilan hamkorlashgan bo'ldik. 1 yil u yerda turgandan keyin yana lakin bizning vatandan chiqqan vaqtda irodamiz o'qib diniy bilimimizni ko'p oshirishdan iborat u narsamiz bo'lmasdan boshqa xalqimizni zulmdan qutqizishga amaliy bir xizmat qila oladigan bir bilimlarni elish, bilimlarni elish niyatimiz to'qliqdan 1 yildan keyin men yana ba'zan Hüseyin Can Qarım haramga berib, qaytib O'rta Osiyoga berib, u yerda tijoratchi qarindoshlarga davet xizmatini elib bo'lgandan keyin uni aloqa qilib, mushak O'rta Osiyoga kelgan bo'lsangiz dedi. O'rta Osiyoga qaytgan bo'ldim. Turkiya orqali.
Ondan keyin Orta Asiyoda 5-6 ay ba'zi xizmatlarni qilib, bilimlarni olgan bo'ldik. Keyin o'zimizning istagancha oldigan bilimlarimiz ba'zi yerdan xabar kelgan bo'ldi. Shu yerga borgan bo'ldik aziz qarindoshlar. Shu qisqacha chet eldan chiqib o'tkazgan va eng oxirida o'zimizning istagan bilim oladigan shu xalqimizni zulmdan amaliy harakat orqali qutqaza bilimlarni eladigan yerga erishgan bo'ldik. U yerda bir necha yil jarayonda u yerda bu bilimni elish bilan shug'ullandik, tirishdik. U yerda bir yil yaqin turgandan keyin O'rta Osiyoga qaytib, O'rta Osiyoda qarindoshlar bilan bu yerda hamkorlashib diniy xizmat olib borgan bo'ldik. Sen davlatiy shu vatanga bo'lgan mas'uliyatimizni u vatandagi qarindoshlarimiz zulmidan qutulishninki zulm ekanligi haqida xizmatlarni o'rinlagan bo'ldik. Ben Hüseyin Celil efendimninki qarindishimizningki suratini ekranga chiqardim hozir bir amallarni qilib. Yani hazır Kanada noposuga o'tib vatan O'zbekistonga borgandan keyin Xitoy tutib ketgan Husaynjon Qarim shumi sizlayotgan Husaynjon Qarim? Kanada vatandaşlığı ödep Özbekistan'a borgandan keyin Xitoyga qaytarilgan Husaynjon Qarim shu. Xo'sh. Siz so'zlarni qilib bo'lgandan keyin Husaynjon Qarim masalasida bir savolim bor, uni so'rayapman. Xo'sh, davom qilasizlar. Orta Asiyoda 3 yil degidek jarayonda biz bu yerda ticaret, bu yerdagi erlik qarindoshlarga aralashish orqali o'zimizning xalqimizningki vatanda bo'layotgan zulmlarni eslatish va ularning kuchi chet elga chiqqanlarning mas'uliyatining og'ir ekanligini unutib, qo'limizdan kelishicha bilmaganni bilib, o'rganib, shu zulmdan qutulishga, shu qarindoshlarimizni zulmdan qutulishga, vatanimizni ishg'ol Xitoy necis kafirlarning kuchi depsende altından qutquzish uchun qarindoshlarimizni undigan bo'ldik. Undan keyin 3 yildan keyin yana O'rta Osiyo vaziyati keskinlashdi. Yana o'zimizning bilim oladigan joyigacha qaytib, u yerda yana bir yil degidek jarayonda u yerda qoldik. 2001 jarayonlarida u yerda mechodisi vaziyatlar keskinlashib Türkiye'ye gelip 2002'den keyin Türkiye'de çoğdise müşahede turup yüzümüzden kendi biz her yerine ayrılıp geldiğinden keyin maddi ve manevi cihette üzülüp Türkiye'ye geldik. Bu yerde çoğdise hem eğlence malumluk Türkiye'de işlemese ne mutluluğu bir bombayla bulunduğu için hayatımızda her türlü ticaretlerle şug'ullanish orqali shaxsiy hayotimizni o'tkazish. Undan keyin cho'disa bu yerda yana lakin qalbimiz o'qot bo'lgandan keyin Turkiyadagi qarindoshlar bilan yana hamkorlashib, birlashish, yana cho'ngimiz, buyukimiz Abduqodir Yapchan akimiz Abdulakim Mahsun hajim Allah rahmet eylesin. Yatqayırınca cennetinden Cenab-ı Allah müşerreflendirsin. Bu ustazlar olan hemkarlıkta bir sohbet elip bağlan bulduk, hizmet elip bağlan bulduk. Keyin bir yerde birlikning qanchalik muhim ekanligi, birlashmasak bo'lmaydiganligini bilib, bu yerda hozirgi ma'arif jamiyatini birlashtirishga o'rin bo'ldi. Yani ma'arif jamiyatini qurishda sizning rollari bor, yani hozirgi ma'arif jamiyati. Asasen vaqtida bizning nüfusumuz yo'q. Nüfusumuz bo'lmaganligi uchun asosan o'quvchilar bo'lmagan bo'lsa ham uning turkilik rol o'ynagan masalan Abduqodir Yapchan hakimiz bilan Abdulakim Mahsun hajimiz bilan ustozlarimiz bilan birlikda shuning turkilik rolni o'ynab qurishga birlikda kuch chiqargan birlikda. Allah razı olsun. Yani Hüseyin Celil'ninki qarindishimizningki O'zbekistondan Xitoyninki tutib ketgan, vatanga ep tushib ketgan ahvolini qisqacha sizdan anglaylik, undan keyin suhbatimizga o'taylik. Bunda Hüseyin Celil bilan baydigan o'xshash biz vatanni birga o'qigan. Xo'sh. Tashqarida ham bir jut asosan yaqin do'st bo'lib o'tgan qarindishimiz chet elga birga chiqdik. Türkiye'de baydigan o'xshash o'ziga ketdim, u yoqqa ketdim. Keyin O'rta Osiyoda kurashgan bo'ldik.
Orta Asya'da turup bir mezgilden keyin Hüseyincan Qarım yani vatanga qaytib bir kirib chiqsak degan gapni qildi. Men Misrdan O'rta Osiyoga qaytgandan keyin. Men dedim biz hozir chet elga ne g'oyalar bilan, ne maqsadlar bilan nurg'un bedellarni to'lash orqali chiqdik. Pasportni 3-4 yil bo'lgan qaram ishlatib. Hozir hech bir natijasiz vatanga nima deb qaytamiz? Men vatanga qaytmayman hozir. Hech bir chiqqan niyatga, hech bir maqsadga erishganimiz yo'q. Shuning uchun vatanga qaytib nima ish qilamiz hozir? Degandan keyin men vatanga qaytib chiqmasam bo'lmaydi deb vatanga qaytdi. Vatanga qaytib bu yerda yana tutilib qolish xavfi bo'lib, yani ichkiriga qaytish orqali bu yerda nurg'un qarindoshlarning yordam qilishi bilan yana chet elga ikkinchi qatim 5-6 oydan keyin chet elga chiqdi. Bundan keyin ba'zi nurg'un voqealiklar bor. Bundan keyin Kanadaga cho'q desa ketgan bo'ldi. Ketgandan keyin menim o Turkiyaga men kelgandan keyin kelsanlar Kanadaga dedi. Hem bizlarga ba'zi yer bay degandek maqsadlarimiz bo'lgandan keyin biz Türkiye'de 70 milyon kardeşimiz yaşayaptı. Hem dinimiz bir, dilimiz bir, milletimiz büyükken. Bu şeyde inşallah bir işlerini çok tanış mümkün. Mümkün olsa bu yer bağımlılıklar diye söyler. Bu yer bağımlıkan bulduk. Yine Hüseyincan Qarım kardeşimizin pasportu çıktı dep anladım. Eremge kilipti dep anladım. Güreş pandeminin tılpında. Yine Orta Asya'ya çoğu dese gitipti diyen kararını uygulagan bulduk. Xitoyning odamlarninki aldab uchishib ketganlik xabari to'g'rimi Husayn Jalil qarindishimizning? Kimninki? Xitoyning odamlarninki, ya'ni O'rta Osiyoga kelishga da'vat qilganligi. Men uni ham idrok qilib anladim hamda u anglagan gaplarni dalil isbotimiz bo'lmagandan keyin uni bir narsa deb to'g'ri bo'lmaydi. Ammo Husaynjon Qarimning ayoli O'zbekistondan, Toshkentdan qo'yilgan. Şu ayağlarınki, telifi ata-analarınki mesela o yani yoklap geliş ya ayağlarınki şu veriş telifi anladık. Hem de insançılık, Kanada degen hem de halkaralı tanıngan bir çoğun bir devlet. Ona boğandan keyin onun pasportunu elip kıygandan keyin insanlık halımızda bazen bir işkenceye erişip kalın buluşumuz mümkün. Ben bu haberleri anladım. Kanada pasportu boğandan keyin çok ise. Bunun Orta Asya'da qanchalik izlayotganligini u yerning murakkab ekanligini bildi qarajim. Ammo afsus endi Allohning irodasi, taqdiri shu mukammadami? Endi bilmay turib, dalil isbotsiz buni ayblashning kuchi bu to'g'ri bo'lmaydi. Shuning uchun qaytib berib, mening anglashimda endi shu qarindoshning deb birishida borgandan keyin 15 kunlikmi viza bilan borganmish Toshkentga. 15 kunlik viza tutgandan keyin ba'zi qarindoshlar tavsiya qilganmish mush vizini ham uzaltımen devjumay bir ketken bo'lsalar mushadimda xotirjamda. Degandan keyin insonlik holi yani to'g'ri bo'lmaydi deb bizim O'rta Osiyo turganda masalan pasportimiz jing bo'lsa-mu, masalan sog'lom bo'lsa-mu, biroq vasita orqali masalan pul berish orqali o vizalarni qo'ydirib turdi masalan ko'pincha qarindoshlarimiz. Hüseyinjon Qarimning bevosita shu viza qo'ydirgani bo'lganligi bo'lgan jarayonda shu yerda tutib Xitoyning pasportini tuzallab konsulosdan bu bizning fuqarosimiz deb turib shu O'zbekiston bilan anglashib ketganligini anladim men. Ağanemde mümkün onun başta kuturak qilib bo'lishi mumkin. Do'stlarni ko'rinib turib masalan uni yo'q degil bo'lmaydi. O'zbekiston kaslar unda yaxshi bo'lib ketdi, ya bundan bo'lib ketdi, Kanada pasporti o'sdi, u bo'lmaydi, bu bo'lmaydi degan tashviqlar bo'lgan bo'lishi mumkin. Uni men aniq bo'lganlik uchun buni chekmayman. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Yani benimki bu sualını soruşum da bugün biz biraz tarihi meselelerini oturuğa koyuşumuz fakat bunun keyinki hareketimizne yani birazdan zaten planlarını oturup koymakçı. Hareketimizne doğru yönelişke ep berişne maksat kılgan. Bir yer sorulgan her bir sual adli olsun, meyli nim olsun, aziz kırındaşlar pek mühim suallar. Bazı neslerini uzun cevap verip oğul olmaydı. Neme üçün degende hazır yani Orta Asya berip geliş meseleleri Avrupa'da olsun, Amerika'da olsun çoğun bir şekilde kengiyivatıdı. Bu bir. İkincisi Xitay Şarkı Türkistan'a tecavüz hareketini kılıp hazır şu 2015-16'dan keyin yo'qotish hareketini katliam
larni ilib berayotgandan keyin hamda asosiy tig'uvchini chet elga qaratiyotidu. Chet elga qaratib, chet eldagi Uyg'urlarni qandaq boplash, mayli qonuniy jihatdan bo'lsin, shu davlatning qonun organlariga arz qilish, so'ltib zaharlab o'ltirish degandek, masalan, andikin nima paydo qilish, besim paydo qilish, qo'rquv paydo qilish jamiyatda. Xitoyning odamlari kecha kunduz to'xtamay ishlayotidi. Ya'ni chet eldagi Uyg'urlarni qanday qilsak yo'qitamiz degan qadamni rasmiy tashladi, ammo qadam tashladi, amaliy harakatga mencha mayli Abduqodir akamning turmuqqa tushishi bo'lsin, Abdullakim Maqsumajim akamning tuyuqsiz vafot shahid qilinishi bo'lsin, bu masala bir Xitoy tarafdan boshlang'ich. Endi navbat bizlarga kelishi mumkin. Chet eldagi Uyg'urlarni yo'qotish, bo'labmi bu sahnadagi insonlarni yo'qotishni maqsad qilib. Uning uchun ben Hüseyin Celil nima uchun O'rta Osiyodan, O'zbekistondan tutib tushib ketildi degan masalani yana qayta so'rashim bu kunlar tekrar qilmasin. Biz buni bilayli, tajribalik bo'layli. Afg'onistonda nurg'un masalalar yuz berdi, O'rta Osiyoda nurg'un masala yuz berdi, undan keyin Afg'onistonda bo'ldi, undan keyin o'xshash ish Turkiya va Suriyada yuz berdi. O'xshash voqealiklarni qayta ko'ribmiz, zerikib ketdik. Bundan keyin o'xshash holat tushib qolmaydi bu savolni so'ratimi. Ba'zi qarindoshlar debdi, shu naq gapni qilsak deb, endi naq gap mushunchalik aziz qarindoshlar. Alloh sizlardan rozi bo'lsin. Iloji bor bugun naq gapni qilishga tirishimiz. Sizlarningki besiminglarni bek og'irlab ketdi, shartinglarni bek cho'ngib ketdi hozir. Bundaqda Hüseyinjon Qarim to'g'riliq qetib qo'ydigan so'zlar bo'lmasa boshqa masalaga o'tib ketaman. Men so'rayman. Başka koyduğum meselem yok. Şu Allah'ın takdir iradesi Xitoy qaytırıldı. Bayısıyla zaten qağanını izahat böyle. Benim okşaş qarindoshlardan bir vatanninki mazlum bir xalqimizni, bir vatanni tutishimizni da'vatdan, onun önderlik qilaman da'vatgan, asas rolini o'ynayotgan qarindoshlarimiz qattiq diqqat qilishi lozim. Chunki kafirning dushmanninki ilisi intayin yuqori. Bu uyushmaydi. Düşman ıklamayın deyilgan nima var. Bunun için qarajın bir bölgesi, kichik bir kastamasi, yuqori darajalik olim hizmetlerini ilib qo'ygan. Shuningdek, u bo'lsin bir iborat, bizga ko'pincha diqqat qilishimizga bir nima bo'lishi kerak. Hatta bo'ldi, mening boshqa fikrim yo'q. Allah razı olsun. Sizning ovozlari sal uzilib bordi, inshaalloh yaxshi bo'lib ketadi. Xo'sh, O'rta Osiyoda nima ishlar yuz berdi deb men so'ramayman. Faqat O'rta Osiyodagi ishlarning Turkiyada yuz berib qolarmi deb shuncha ansirgan edim 2 yilning oldida yoki 1 yilning oldida. Allohning rahmati bilan bugungacha undaq bir avval Xitoy g'alaba qilolmadi. Xitoy bek kuchab boqqandi deb o'ylayman. Turkiyada O'rta Osiyo masalasini qayta Turkiyani parokanda qilish masalasini. Mening bu shaxsiy fikrim, ya'ni nima uchun bundaq deysiz deganda, Turkiyadami millatchi, mujohid, demokratchi, vatanchi mujohidlar u bu degan gaplar ajoyib moda bo'lib, kun tartibga kelib, Yevropada yashaganlar demokratchi, millatchi, Turkiyada yashaganlar mujohid, jannatchi, Saudiya Arabistonda yashaganlar kabichi degandek ashundaq bir-birimizga dushmanlik 2 yilning oldida bek g'avg'o bo'lib ketgan. Allohning rahmati bilan bugungi kun kelganda Turkiyada qarindoshlar va Yevropada qarindoshlarning tirishchanligi bilan hozir bu ish biroz pasaydi. O'rta Osiyoda nima bo'ldi deb savolni so'rashdan burun O'rta Osiyo masalasini sizning og'izlardan yuzaki bir shaklda anglab o'tib ketaylik. Chunki keyinda yomon jiq gap bo'ladi ekan. Bu yerda masalan mayli Mehmet Nazaret efendim bo'lsin, mayli bu Abdulhamid Tursun efendim bo'lsin va ya bulardan boshqa bu ishlarga chetiladigan odamlar bo'lsin, hozir naq maydonga telefon qilsa bo'ldi, qanday masala ustida nim qilsa. Chunki bu to'g'riliq nurg'un fitna fasodlar to'g'rida kengayib ketdi. Buni yig'ishtirish uchun buning asli bilarmani bo'lgan sizdan bu ishni so'rayman. Xo'sh. Endi O'rta Osiyo voqealigining men tafsilotiga kirmayman. Xo'sh. Endi umuman elib aytgan vaqtda endi O'rta Osiyo masalasi kelsa, u vaqtida hammalar bir vatan davosida yangi yana iqtidoda chet elda yana ish boshlagan shundoq ba'zimiz diniy e'tiqodimizni
qattiq mazmun tushungan, unga nisbatan hech bir taviz bermaydigan şekilde tushuntirgan. Ba'zimiz sal jo'liqda xalqlarni jiq ko'rgan, chet elni jiq ko'rgan bo'lganligimiz uchun sal kengroq doirada shu ish elib borgan bo'lsak degan bir guruh var, yani Mehmet'in Hazret Başçılık'taki. Başında bular nurg'unlan ziddiyatlar o'zaro kelib chiqdi. Endi uni men hozir uni çok bay degandek tafsilotiga kirib o'tolmayman. Chunki hozir xalqimiz qattiq zulm ichida uni til bilan tasvirlab qo'yish bo'lmaydi. Bizni chet elda turib, agar bizning qalbimizda haqiqiy vijdon, haqiqiy iymon, haqiqiy g'urur bo'ladigan qon qanimizga jon jonimiz so'ngaklerimizga his qila olamiz zulmni. Chunki hammalarning tug'ilishdan tabiiy mehr muhabbat bergan onalarimiz, ochillarimiz, singillarimiz urug' tuqqan va tunuduq qarindoshlarimizning ko'pinchisi Xitoy zulmidan ko'p uyg'onadi. Vajan deb laqar yanmaydigan, debmi tinolmaydigan, yig'lay desimi teshig'i chiqirib, ko'zini bilnashtirib yig'layanmaydigan bir dard ichida uyg'onadi. Bu mezgilda men O'rta Osiyo bo'layotgan o ichinishli tragediya vaqaliklarni tafsili so'zlab o'tirib, qarindoshlarning desa nimasini ruhiy kayfiyatini yoki vatan davosi bo'lgan qizg'inchiligini uningga ta'sir yetkazishni xohlamayman. Shuning uchun O'rta Osiyoda vaqaliklar bo'ldi. Bizning nodonligimiz, bizning tajribasizligimiz, bizning ba'zan bilimsizligimiz tufayli nurg'un narsalar kelib chiqdi. Hatto nurg'un qarindoshlarimiz shahid qilindi. Bu ma'lumlik. Men tafsilotga kirmayman. Uni masalan ba'zan ism atalgan sizlar cho'ng shaxs qarindoshlarimiz bor. Ular masalan 15 yil bo'ldi masalan o'rtaga chiqmay o'tirib hozir mezgillarda chiqyotdi. Amma shuni umid qilamanki, u inson mumkin ba'zan bir ishni xato ishni to'g'rida ya ummatning manfaati deb o'ylab qolgan bo'lishi mumkin deb qarayman. Qolganni shu qilg'ich shaxslar o'zi obdan biladi. Endi 10 yil o'tgan jarayonda har bir inson o'zgaradi. Mumkin Allohning kuchi qilgan xatoliklarni tunib yetib, Allohning hidoyati bilan yana shu qilgan narsalarga pushaymon qilib, yana bir ummatga xizmat qilay degan niyatga kelgan bo'lishi mumkin. Ammo men shuni umid qilamanki, u ishlarni atalgan ya qilgan qarindoshlarimiz kim bo'lsin qat'iy nazar, agar uni xato qilganligini o'zi his qilsa, bu yerda bizning jazolaydigan bir davlatimiz yo'q. Bizning nima qiladigan bir kuchimiz yoki narsamiz yo'q. Hech bo'lmaganda xatoligini o'zi e'tirof qilib, xalqning oldida men to'g'ri o'ylab xato qilganman. Ummatning manfaatini o'ylab turib, xato qilib ketganman. Yangichilikdan, tajribamizdan ko'vallikidan. Men tövbe qildim shu jinoyatimga, Allohning oldida tövbe qildim. Xalqimning oldida desa, kechirim so'rayman. Agar jazolashga tegishli shuningdan nima bo'lgan bir sharoitda men jazolanishga haqli degan bir xalqdan avvalan o'zini aytish bilan aynan yoqda xalqning oldiga chiqsa, bu xizmatga fitnaga sabab bo'lmay mumkin, menishi mumkin. Agar shu shaxs rost samimiy u vaqtda xato qilib qolgan, hozir u xatoliklarni bildi va aslida tövbe qildi. Endi bir xalqimiz uchun xizmat qilib tövbe qo'shmoqchi bo'lsa, buni avvalan jakolishi lozim deb qarayman. Agar unda qilinmagan bir taqdirda o'zi necha vaqtni qanday maxfiy qolgan bo'lsa, maxfiy qilib turib, qo'lidan kelgan imkonlarini desa, tamning oqisi turib, önde ya haqiqiy samimiy xizmat qila oladigan qarindoshlarni chiqarib, shuni qo'llash orqali u jinoyatlarni, u xatoliklarni yurishga tirishsa, bu intayin oqilona va u shaxslarningki samimiy bir Allohning oldida, xalqining oldida tövbe qilgan va samimiy bo'lgan deb qarayman. Sizlar bu masalani tragediya deb qaramlar. Tragediya deb qarayman. Chunki mening nimamda, chunki O'rta Osiyoda bo'lgan o ish intayin her taraf kuchlangan. Xalqimizmi vatandagi shu xalqimizni zulmdan qutqizishga bo'lgan mayli tijoratchi bo'lsin, mayli bir
oddiy shaxslar bo'lsin, qattiq ruhlangan, qattiq samimiy bir harakatga o'tgan bir mezgilda O'rta Osiyo masalasi. Agar şu Orta Asya meselesi, şu ihtilaf, şu birbirimizga bo'lgan hücum, ba'zanlarimizning ba'zan qarindoshlarimizni shahid qilish, yo'qotish xarakterlik aşı narsa yuz bermagan bo'lsa, mumkin bu davosimiz bu vaqtga qadar bir iliqqa surilib ketmay, shu vaqtida ya uyan ya buyan bir narsalar bo'lib bo'lgan bo'ladi deb qarayman. Shuning uchun uni desa, qattiq bir fojia, bir tragediya deb qarayman. Şunu onu men yan tepsiyle sözlep oturup Ya qarindoshlar uchuq deyotgan bo'lsalar debdi, biz buni zodi nimaninki ekranning keyindimi biroz maslahatlashib deyishgan bo'ldik. Chunki nurg'un qarindoshlar bugun bu yerga chiqqandan keyin shuni ochiq anglagan bo'lsak debdi. Buningki ochiqlangan bir nimalar bormi jamiyatda ochiqlangan kitap veya bir narsa yozilgan u bu va kaza taraflari bormi? Chunki qarindoshlar yamanchiq yozib ketyapti. O qarindoshlarni to'g'ri tushunishi lozim. Masalan, bu yerdagi O'rta Osiyo davlatlarining boshqaning bir davlati, boshqaning boshqarish bizning u yerda ishimiz patadigan yoki u yerda ko'p kuchli bir nimaga ega bo'lgan bir sharoitimiz yo'q. Vaqtning xizmatlarini maxfiy olib berayotgan bir ishlar. Unda bo'lgandan keyin hozir 15-20 yil jarayon o'tdi. Onunla bo'lgan nurg'un shohidlar, nurg'un qarindoshlarimiz O'rta Osiyodan tutilib Xitoy qaytarildi yoki Xitoyda turmalarga hibsxonalar etildi. Nurg'un qarindoshlarimiz tarmar bo'lib, o qarindoshlarning ko'pinchisi desa hozir yo'q. Shuning uchun ilg'i gapni bu vaqtida bizning bir kuchimiz ya davlatimiz ya biznesimiz bo'lmagandan keyin hammani isbotlab qoldida manda deb qirdigan bir masala emas. Buna bo'lgandan keyin bizning shohid bo'lganlarimiz, taxminlarimiz ustida bo'lgan narsalarni faqat bilalaymiz, deyalaymiz. Hozir qarindoshlardan umid qilaman. Uni deb yurib, iliqqa yurkimizni ajitishning hech bir keragi yo'q. Biz bundan keyingi ishimizni qarashimiz lozim. Buning ishlarni desa, Allohga topshirib, qo'limizdan Alloh bir sharoit bergan vaqtimizda u vaqtida shu shaxslarni o'ztirani ekib turib, nima uchun qilganding deb so'raydigan sharoitga kelgan vaqtida hisob qilib qarayman. Hozir desa, uni iliqqa ko'chilab chiqsak, bundan keyingi davosimizga ya hech bir narsamizga çok foydasi bor deb qaramayman. Shuning uchun inson degan xato qiladi, xatokor. Ba'zan to'g'ri deb o'ylab turib, nurg'un xatolarni vujudga chiqarib yetishimiz mumkin. Bir xato ishni to'g'ri deb o'ylab qolib, yoki xato bir ishlarni ummatning ziyonli ishlarni foydali deb o'ylab qolib, xatoliklar kelib chiqishi mumkin. Shuning uchun bu ishlarni tafsiliy so'zlab o'tirishni men istamayman. Qarindoshlarning foydasi yo'q, davosimizga foydasi yo'q. Bundan keyin ashta bo'lmas uchun qo'limizdan nima kasb qilib, xalqimizni birlashtirib, amaliy birlashtirib, Xitoy qarta vatanimizda zulm chekyapsa, ochillarimiz, singillarimiz turmalarda qo'llanmayapsa, dafsanda qilinmayapsa, tajovuzga uchrayapsa, dadillarimiz, analarimiz 60 yosh, 70 yosh, 80 yoshlik qaramay turmalarga solinib, turmalarda eg'ir iskirenciler görülüp şehit kılınıvasa, ulardan haber alanmavasa, biz kupap 15 yıl, 20 yıl burunku vakaliklerini dese, tepsili tükep oturup birisimizde nime kılmay, şu qarindoshlarning hemmasininki tövbe qilgan bo'lsa, Allah qabul qilsin, Allah kechirib zot, G'afurur Rahim zot. Bo'lmasa Allah o'zidan biladi. Bizga sharoit bergan vaqtda biz uni hisob qiladi. Hozir bu paytda xalqimiz ingrayotgan, deyemayotgan, ko'zidagi yeshini teshig'i chiqarammayotgan, bir vaqtning o'zida biz jismimizning xatoliklarni o'ttirg'icha ko'chib chiqmay, hammalarning shu xatoliklardan tövbe qilib, bundan keyin desa, birlikda mirini deya quchoqlashib, bag'rimizni besib, shu xalqimizni qanday qilib shu zulmdan qutulaymiz degan gaplarni jiqroq qilsak, bu bek yaxshi bo'ladi deb qarayman. Shuning aziz qarindoshlardan bu narsalarninki tafsilotiga kelish ya bana ya hech bir qarindoshimizning foydasi yo'q. Shuning uchun u narsalarni qo'shilishini to'g'ri deb qarayman. Alloh razı olsun. O yaqinda yuz bergan shu narsalarni maydonga olib chiqqan kishilarga qanday qaraydi?
Endi men şu Masalan, bu da sizden Türkiye'de bu ötken yılın ahırkı mezgillerinde yamancı kop ketdi bu gap. bu yerde elbette canım kardeşim ben başta programın aldığım sizden değişken bu yerde bizde adalet Hı. adalet deydiğin nersi buluştular. Biz bu yerde rast şu cinayetin hakiki emaskenligini ya şunu kılgıcı şahsını onu nima qilmoqchi bo'lsa o shaxs degan biz qarshida demoqchi bo'lgan insonlar biz bilan birga yashaydi bir shaharlarda bir davlatlarda uning bilan ko'risholmaydigan bir ish yo'q ko'rashsak bo'ladi deyishsak bo'ladi uning nima yo'q ammo o'rtaga chiqqan vaqtda o'zimizning jamoatchiligiga o'zimizning qo'llagan bir to'plumga yoki bir to'plumga kelib gap qilgan vaqtining o'zida biz uningga susib hech bir gap qilmay oldimizga kelgan vaqtda gap qilmaymiz. Chiroyli gaplar bo'lsa gap past tingshaymiz va chavoq chaldigan yerda chavoq chalamiz chiroyli o'tiramiz. Endi u so'zdan ayrilib chiqib ketgandan keyin cho desa ko'tir u yerda bu yerda Turkiyadagi gaplar shu. O shaxs bir qatim bir maydonga chiqib gap qilib u yerda shu qarindoshlarimizni o'zi jonliq qilib tinglab o'tadi. Endi keyin cho desa uning yordamchisi bo'lgan ve onun meslekçisi bo'lgan bir qarindoshimiz bu yerga kelib bir suhbat urunlashtirgan vaqtning o'zida yana o 4-5 kun ochiq suhbat urunlashtirdi masalan men anglab turdim men bormadim. Bu suhbatni berib o'z tarani sen mani nima ish qilganding desi deyalik biz chunki bir musulmon biz faqat Allohdan qo'rqaymiz. Allah iroda qilgan bo'ladi Allah iroda qilmasa bo'lmaydi. Biz erkeklarcha bu sorunda so'rash orqali bulamdı ya chet tartış orqali bulamdı sen neymiş qilganding demay eni yaxshi desa bu yerga kelib nima qilsa bo'lmaydi u manda qilgan deb tor dunyolarda chiqdi men shu tor dunyoga chiqib gap qilgan qarindoshlarim bilan o'ztirani berib nima uchun sizlar bunday qilasizlar deb ular bilan deyishdim siz o'ztirani deysangiz bo'lmaydi endi sizlar bilgandan keyin shu voqelikni sizlar o'tirib berib deysangiz bo'lmaydi deb menga aytdi degandan keyin men hozir bu voqelikni tartibga chiqib urishib o qarindoshlar bilan kim bilan bo'lsin ziddiyat teriydigan vaqt emas deb qarayman shuning uchun men bormayman agar sizlar bak uqmoqchi bo'lsanglar mening qishimda sizlar erkakdek turib men bilan birga beringlar men boray va u gapni deyishayli desam uningga nisbatan yaqin kelmadi shuning bilan ben gapga aralashmadim ashunday gaplar o'tirg'uchi tor dunyosida chiqdi yana torda topda etildi Hoş, Allah razı olsun. Yani bazı qarindoshlar yezibdi, albatta aziz do'stlar. Telefon numaramız ekranda bor. Naq maydonga telefon qilsanglar bo'ladi, nochi bo'lsanglar yezavermay pastda. Ba'zilar bu so'zni yo'q qilish tarafdori ekan, ba'zilar uch qo'yib ketgan bo'lsa tarafdori ekan, ammo nima uchun bugun Mansurajim bilan biz bu masalani qaytadan bir serib o'tib ketdik degan vaqtida aziz qarindoshlar yana abayqi gapni takrorlayman Turkiyada sen millatchi sen mujohid sen vatanchi sen demokratchi degan gap bilan yana bisiga qurol ko'tarishib insonlar yana bir O'rta Osiyo voqeasi yuz bermasligi uchun biz shaxsan men shunda ansirdim aynı zamanda chunki bek avjag'an Xitoy toza o'tni qo'ygan bizga o demokratchi ekan bu millatchi ekan bu Amerikada yashasa qanday bo'ladi u yuzni ichib o'tibdi bu yuzni yipib olibdi degan gaplar hozirgacha oyog'i tugmayapti. Biz buningdan keyin chet elda umuman Uyg'ur ichida sen millatchi, sen mujohid, sen vatanchi, sen demokratchi degan gapni sen mustaqilchi, yaqinda men mustaqilchilik bilan men avtonom rayonchi degan gap chiqyapti masalan. Mushundaq masalalarni tub yiltizdan yo'qotib o'tish uchun kona xamanni yana bir qitim so'rib biz burun mushunda bo'lgan endi bo'lmayli deyish uchun bu gapni bundaq sirib o'tib ketyapmiz. Buni cho'qim tushunishinglar lozim. Bek cho'ng gapinglar bo'lsa, naq maydonga telefon qilasizlar, novchilar, mujohidlar ya kim bo'lsa mayli. Mening ba'zi so'zlarimda biroz chaqchaqmi bor aziz qarindoshlar, shunga normal kayfiyatda, tabiiy kayfiyatda ba'zi so'zlarni qilsam, rasmiy tushunib olmanglar. Mansurajim bilan biz ikkiranning oxiridan deyishdik. Bizning maqsadimiz hargizmi
bu narsalarni olib chiqish emas, faqat buningdan keyin yuz bermaydi deyilolmaydi. Chunki Xitoy taq qo'l solmadi chet eldagi Uyg'urlarga. Chet eldagi Uyg'urlarningki O'rta Osiyoga berish masalalari biroz ko'payayotganligi uchun mushta qilib masalan yana Xitoyning cho'ntagiga pokka tushib ketmayli, ayni vaqtidagidek Husayn Jalil qarindishimizdagidek va yoki boshqalardek. Masalan, Turkmanistonda 3 qarindishimizni tushib ketdi Turk vatanda. Shundami men Sirojim? Tojikistonda. Kechiringlar, Tojikistonda 3 qarindishimizni bizlar bilan birga o'tirib tamoq yeydigan İstanbulda Zeytinburnu'nda o'tirib paranglashadigan qarindoshlarimiz Xitoyning turmusda masalan yoki shahid qilindi yoki turmada. Xo'sh, yana bu to'zaq tushmayli. Xitoy yaqinda yana chet elga o'zininki qora qo'lini soldiganligi ba'zi araştırmacı, tadqiqotchi qarindoshlarimiz tomonidan o'tirib qo'yilayotganligi uchun chet elda yana millatchi, vatanchi, mujohid degan gaplar qayta chiqib, yana biz qurol ko'tarmayli deb bu gap shundoq bir shamoldek siypab o'tib ketildi. 3 kundan beri Amerika, Yevropadagi qarindoshlar bilan Turkiyadagi qarindoshlarning o'rtasida fikriy surkilishlar bo'ladi. Turkiyani yaxshi, Turk davlatini yaxshi ko'rmaydiganlar Tayyip Erdoğan qarindishimizga yoki Turk davlatiga qarshi so'zlarni yozayotdi. Türk devletini yaxshi ko'radigan qarindoshlar yo'q, g'arb dunyosi mandaq, Amerika mandaq deb bu shaklda bo'ladi. Buningdan keyin mana shundaq narsaning avjab ketmaslik uchun ey qarindoshlar, bugun burun biz moddatni yashadik, mancha adamimiz o'ldi, bir-birimizni otdik, qirdik, mancha adamimizni Xitoy zaharladi, mancha adamimizni turmoq soltivetdi. Buningdan keyin unda bo'lmasin deb mas'uliyatni qilyapmiz o'z qarindoshlar. Xo'sh, O'rta Osiyo masalasida qaytib qo'ydigan so'zlar bormi? Buningda o'tib O'rta ketaylik. Osiyo masalasida qaytib qo'ydigan so'zim yo'q. Buning uchun o voqealiklar bir qatim ashunga bo'lib ketdi, normal. Xo'sh, Ajim, sizningki ovozlar biroz uzilib oldi. 1 minut turib olaylik. Bizningki ba'zida saymonlarningki kuchi yetmay, men 300 MB'lik tor ishlataman. Shu tormi ba'zida naq maydonni tatolmay qoladi. Masalan, odatdagi normal uyning toridan 10 nesli ustun tor. Ba'zi sistemalar ovozini tatolmay, sizlar birazdan oldidagi ovozlarni o'zi yaxshi anglayolmadik. Xo'sh. Endi sinab boqaylik. Xo'sh. Endi O'rta Osiyodagi o voqealiklar bo'lib o'tdi 15 yil yana burun. Unda bo'lgandan keyin hozirgi vatanimizda ochillarimiz, singillarimiz, onalarimiz, dadillarimiz qattiq til bilan tasvirlagichsiz zulm ichida chiqayotgan bir mezgilda biz 15 yillik masalalarni tartibga chiqib, uni tafsili yeshib o'tirib, ziddiyatni avutmay, tamam biz inson xato qilamiz, Allah kechirsin. Endi sal o'shimizni tepib, qarindoshlarimizningki chiqayotgan zulmini rost qalbimizda his qilayotgan bo'lsak, bu narsalarni ko'chilmay, bundan keyin bir bo'lashqa dushmanning o'ynagan har turli o'yinlarga yo'l bermaslik uchun tirishishimizni butun qarindoshlardan arzu qilaman. Chunki hozir bizning xalqimizning holi, vatanimizning holi bu yerdagi ushaq ishlarni bo'lib o'tgan bir voqealiklarni tartibga chiqib nima qiladigan darajada emas. Hozir qanday qilib birlashib, qanday qilib tek vujud bo'lib, u xalqimizni izlayotgan, bizning nomusimizni dafsanda qilayotgan, dinimizni, Qur'onimizni dafsanda qilayotgan o nijis Xitoy kafirlarga qanday qilib buning qisosini olamiz, qanday qilib buni tu deb to'g'iza olamiz. Bu haqda qaranglasdak bek yaxshi bo'ladi deb qarayman. Şuna bütün qarindoshlarning arzuyum bu o kadar zulüm çıkıvazsa, o kadar dert ellerinin üstünde durup biz
o vakaliklarni çok koçulaşma, yani onu bilişke tırışmayla bilsakma hiçbir faydası yok. Bilip ketdi o vakalik. Bundan keyin çoğu dese, belki bilgisi var. Belki çoğu bilmeyi kuranmagan karindaşlar bolsa, memle telefon numarımını çoğu versen buludu. Ayrı karanlaşsak buludu. Eğer niyeti fakat şu hatalıklardır, ibret edip, şu hatalıkları şimdi edip çiğme, bundan keyin çoğu toplum müstahkem edip, bir niyet kılış ya arzu kılış niyeti bulun bolsa. Allah razı olsun. Hoş. Endi Afganistan'a ötsek deymi? Afganistan meselesininki ahiri davom qilayotganligi mumkin. Buni sizning og'izlardan anglayli. Bu yerdagi masalan bu siyosiy tashkilotlar bugungacha Afg'onistonda Sharq Turkiston Islom partiyasininki borligini, bor yo'qligini isbotli bir shaklda dunyo xalqining yoki Amerika yoki Yevropaning yoki boshqa davlatlarninki o'zining oldiga tashlab qo'ydi. Ve Taliban meselesi, mesela bugün Xitoyga yaqinlashayotganligini o'tirib qo'yayotgan qarindoshlar bor. Bu meselede nurg'un o'tirimizda ziddiyatlik fikrlar borligi aniq. Masalan, Afg'onistonga berib nima ish qilindi yoki bu Sharq Turkiston bu yerda tutilsa Afg'oniston nima ishimiz bor degandek masalalar zot 20-30 yildan beri yoki 20-25 yildan beri davom qilyotdi. Bu meselede sizning og'izlardan anglayli bu Afg'oniston meselesini. Şimdi kalan hem karindaşlarınki niyetininki doğruluğa şeymin. Ama biz vatandın baya ben burun depet ot yürek. Şu vatandaki oldu. Xo'sh. Sizlar shu telefonni burunqi joyiga qo'yib qo'ysizlar bo'lmay. Assalomu alaykum. Ve aleyküm assalam. Sizlar naq maydonga telefon qildimi? Naq maydonga telefon qildimi? Tamam, ben ovozdan eshitib o'tay. Bu yerda bir qarindishimiz naq maydonga telefon qilibdi. Gapini anglab boqili. Bundan suhbatni davom qilaylik. Bo'ladi, so'zlisi bo'ladi. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum, Hüseyin Ustaz. Hakkımızın ismini isim tutamadım. Men Surajim. Hakkımızın salam. Aleyküm selam. Barlık Muş Hüseyin Ustaz'ın azıcık bu programını görüvatkan körümellerimi salam. İsmim Merdan. Hoş. Benim vardı telefon kılışındaki maksatım iki dersini sözlemek Hüseyin Ustaz. Bu uzunluğu yakın dinlettiğim şu manevi uzuk bulatkan şu programda sizin akberatınızda Allah razı olsun. Bu cihetten nurgun bilimler ilgi olduk, nurgun derslerini üyendik değil. Hem de ağzırkı bu şu devat sıra sözü çokkan bu fikirde ataşan buldum ben bu telefonumda. Hem de asası ne oynayayım ben? Hüseyin Usta, asas bizim Uygurlarımız muhaceretik Uygurlar bu programı görüştüğü maksadı Çin'e görüşemez. Ya da Çin'e görüşemez. Bir yerde bizdeki bilmeyenler biliş için, okumaydıklarını fukuş için biz bu dersini görüş, arzuyumuzu var da böyle emeğimiz var. Şunu da bazı meseleleri çizgiş kılıp sizi yakında kısıp gangırtıp koymuşlar demek ki sözünü çıkan adamla bu 15 yılın aldığındaki işte, anda vaktindeki işte, manda vaktindeki işte demek. Eğer bunda devam etsek bu işler yine devamlı şey yürüdü hayatımızda. Bunda işlerini oturup çıkarıp, aşkını, ama bu işlerini ağırlığı için, ameliyatı tutukanlığı için halkımız bir kıl tecrübesi var kalamdı. Ya bu şundan naçan çıkıvanka adamlar tohtak kılış mümkün de böyle naçan. Bu şundan vaktinde bu işlerin hangisi oturup çıksa da böyle naçan. Bu şahs kılsa yeni bir şahs kıldı onun için. Dağıllaştırıyor burada. Şunu var benim talebim Hüseyin Usta. Bu şuna programları kıran vaxtıda çizgi suallarını körlümelerine taşlatmak uçuk, aşkare,
da açmayı kılmıyor. Allah razı olsun. Benim deydiğim fikrim şu Hüseyin Usta. Allah razı olsun. Rahmet. Ben sağ olun, Allah razı olsun. Bolu, Allah'a emanet. bolu. Allah'a emanet. Allah razı olsun. Aziz qarindoshlar, men so'rajim, bu telefonning ovozini silsal, pasaytib qo'ysa, sizning ovoz menga yenyapti herhalde. O'zlari anglag'idek bir shaklda bo'lsa yaxshi. Kesin çıkmadım hocam. Xo'sh. Aziz qarindoshlar, sizlarni hurmatlaymiz. Har qanday bir qarindishimiz ekranda ko'rinayotgan bo'lsin, ekran shu nimani bizning suhbatimizni anglayotgan butun qarindoshlarimizni hurmatlaymiz. Şoňa yorum yazgan vaqtinglarda, inkas yazgan vaqtinglarda biroz diqqat qilsanglar, bizga buyruq shaklda yozmasanglar. Chunki hammaylar chet elda yashab, nozik bo'lib ketdik. Derdimiz o'zimizdan cho'ng. İşimiz, çeçimizden jiq bo'lib ketgan bu zamonda ba'zi qarindoshlar biroz qo'pol so'zlarni yozg'iltuvdi. Masalan, Abdullah Xudober degandek qarindoshlarimiz. Yazmasanglar yaxshi, biroz hurmat bilan yozsanglar biz qarshi olamiz. Mushta qarindishimiz o'xshay telefon qilib o'tirib qo'ysanglar bo'ladi. Bu qarindishimiz o'zining fikrini o'tirib qo'ydi, biz o'zimizning fikrini o'tirib qo'yamiz. Ya'ni bu Alloh bizga shu shakldagi erkinlikni bergan. Men so'zni men so'rajimga tashlab qo'yma, balkim ikkinchi temaga nim qilsam bo'ldi yoki oxirgi javobni men so'rajim berdi. Şoň agar bundan keyin men qo'pol qapoq savollarni yoki gap so'zlarni yozsanglar, men sizlarni cheklab o'taman, suhbatxonadan chiqarib o'taman. Buning uchun diqqat qilishinglarni umid qilaman qarindoshlar. Masalan, Muhammad Amin yigit o'g'li. Qarindoshlarim, diqqat qilinglar. Diqqat qilinglar. Biz bu yerda o sizlarning fikringlar, biz bu yerda o'zimiz bilgan bir shaklda jiq ishlarni shu ishni bildigan odam bakrak biladi. Bilmaydiganlar bilmaydi. Şoň bilmaganlar bilmagan shaklda o'ttasanglar, nayt yaxshi bo'ladi qarindoshlar. Xo'sh, avu qarindishimizning so'ziga sizning bir javoblar bormi? Bu qarindishimizning telefon qilib alayli ko'ngil bilib, şu o'zining fikrini dadil holda erkekçe telefon qilib yo'l qo'yganligi uchun ko'p Allohga rahmat bo'lsin. Texnik desa irodasini, uchiq so'zlikini Alloh texnik kuchaytirib bersin. Bayır degan o'xshash o meseleler men deb qo'ydim. O meseleler bir hakim, bizning bir hakimiyetimiz var, ya bir kuchimiz var. Onu butunlay ayrıntılık ispatlab chiqib, yanılarni o'tirib tashiyoladigan bu yerda sharoitlar yo'q edi. Hammalarga ma'lumlik bu maxfiy bo'layotgan bir ishlar. Shuning uchun hammasi o'rgan, bilgan va anlagan narsalarga dayangan yoki shuning uchun yurib turib qilgan bir ishlar. Onu men tafsili bu yerda çok deb o'tmasam, men uni xatolashib qilishim mumkin. Shuning uchun men xatolashib qilishimni oldini olish uchun bu narsalarni çok desa, shu umumatlarga bayqidek bilib, bundan keyin diqqat qilib, Alloh bilan duo qilib, qonunni çok desa, ehtiyot bilan nima qilsak deb qarayman. Uni tafsilotiga çok o'tamisak deb qarayman. Allah razı olsun. Ben degandek bilgisi bor qarindoshlar, mening telefon nomerimni beraman, WhatsApp adresimni asib buludim. Kerak kelsa, Lüsteralicho agar Sizning telefon nomerini ekranga yozib qo'ysam bo'lamdi? Ya yozib qo'yishlarmi? Bo'ladi. Allah razı olsun. Undaqda biz ikkinchi temaga o'tib ketili. Afg'oniston masalasi bugun nihoyat qiziq bir nuqta. Nima uchun yana buni tilga olamiz deganda, qurolliq harakat qilish tarafdori bo'lgan bir qism kishilarimizningki buningdan keyingi bosadigan xizmati yo qadimini to'g'ri bir shaklda elib menish uchun buni biroz sipab o'tib kelsak yaxshimki deb o'ylayman. Agar sizlar xohlamasizlar, xohlamagancha uni taqvatib 3-chi temaga o'tib kelsak bo'ladi. Chunki qarindoshlar hozir %70-80% bir fikrda, 20-30% bir fikrda bo'lib yozyapti. Biz endi bu qarindoshlarning hammasini rozi qilib bo'lolmaymiz. Faqat nima uchun bu temani olib chiqisizlar yoki nima uchun bular so'zlandi deganda biz
Şu xalqimiz bilan qanday qilsak bir to'g'ri bir shaklda suhbatlashib, paranglashib, fitna fasod tugusin. Qanday gap bo'lsa, shu o'ttirda, hozir qarindoshimiz telefon qilibdi, Alloh rozi bo'lsin. Ya'ni qalbidagi samimiyatni dedi, keyinda g'iybat qilmadi. Veya keyindan ismsiz, suratsiz shaklda yozmadi, telefon qilibdi, keyin qo'shildik. Men so'rajim buniki yetarli javobini berdi. Afg'oniston masalasida so'zni sizga beray. Afg'oniston masalasiga kelsak, masalan, biz 95 chiqqan bo'lsak, 1997ning oxirlari, 98 boshlangan Afg'oniston masalasi. Endi bu yerga kelgan barliq qarindoshlar hammalar intayin aqidasi sog'lom, irodasi sog'lom, shu vatandagi zulm uchirgan xalqimizni, mazlum xalqimizni shu zulmdan qutqizish va shu nafsini qilinayotgan, oyoq osti qilinayotgan bizga omonat qilib Alloh tarafidan bergan shu vatanimizni bizga shu ishg'ol, shu zulm ostidan necis kafirlarning oyoq ostidan qutqizish uchun niyat qilib amaliy harakatsiz bu vatanimizni, u xalqimizni qutqazg'ili bo'lmaydi degan niyatlar bilan shu amaliy harakatni o'rganish. Masalan, 13 qaytgan vaqtda bizda Xitoy hech vaqtda askarlikka olmaydi, aynan hammalarga ma'lumlik. Ammo ularning muntazam askariy kuchi bo'lganligi uchun, qurolli kuchi bo'lganligi uchun doimiy bizni kuch tayinib turib, ezib va zulm qilib kundan kunigacha chekdan oshgan zulmlarni qilyotdi. Shuning uchun u qarindoshlarimizni shular qo'lidan kelgancha shu qurol yarog' va amaliy harakatlarni o'rganish orqali shularning zulmiga taqobil turibmiz. Alloh bir sharoit bersa, shu vatanimizni zulm osti, xalqimizni zulm ostidan, vatanimizni ishg'oldan qutqizamiz, mustaqil qilamiz degan niyat bilan chiqib qarindoshlar hammalarning qalbiga joyinsa. Endi hamma inson o'xshash bir tushunchaga bo'lmaydi. Bu mumkin emas bir narsa. Buna bo'lgandan keyin biz vatandan chiqqan vaqtida shu niyat, shu sog'lomlik bilan hammalar chiqinglar. Chiqqandan keyin ba'zan chet ellarning har turli ta'sirot uchrab, ba'zi anglamagan fikrlarni anglagandan keyin ba'zimizning fikri o'zgarib qolgan bo'lishi mumkin. Ammo hech kimning qalbida cho'disa, u vatanga bo'lgan sevgisi, vatandagi ota-onasiga, qarindoshlarga bo'lgan mehr muhabbati kemib qolgani yo'q. Ba'zan hamda bilimsizligimizdan, nodonligimizdan hammadan bilimli bo'lmaydi ekan. Qarindoshlarimiz cho'disa, ba'zan fikrlarni masalan vatan desa, vatanchi, millat desa, Uyg'ur xalqimizni qutqizish kerak desa, millatchi degan gaplarni shu Afg'onistonda shu vaqtida u narsa barliqqa kelib, shu vaqtida necha desa, ba'zan talash tortishlar, ikkiga bo'linish ofatlari yuz bergan bo'ldi. Shu orqali Alloh bergan ba'zi ne'matlardan, Alloh bergan ba'zi sharoitlardan cho'disa, yana shu ixtilof tufayli birsimizningki unda deganligi, birsimizning bunda deganlik fikrlar tufayli ixtilofningki zarari tufayli biz yana shu amaliy harakatimizni u yerda ishga oshirolmagan bo'ldik. Ammo uning ishga oshirolmaganlik yoki qilolmay qolganlik u yerda qarindoshlarning hammasining bir xatokor ekanligi yoki jinoyatkor ekanligi u chiqmaydi. Chunki biz barliq inson xatokor, ba'zan xato to'g'ri o'ylab xato qilishimiz mumkin. U Afg'oniston masalasida ashunda baydigan o'xshash vatanchi, millatchi degan ba'zan bilimimizning yoki tajribamizning yoki nimamizning kamchiligi tufayli u ixtilof yuz berdi. Shu ixtilof tufayli nurg'un sharoitlarga ega bo'lsakmi, u sharoitni qo'llanib maqsadimizga yetolmagan bo'ldik. Ya'ni shuning ziyni ixtilofning ziyni bo'lib chiqdi. Shunga u yerdagi qarindoshlarningki bizlarda bu narsani tushunishimiz lozim. Bir shaharda yoki siyosiy xizmatlarni olib borayotganliklarimiz u yerdagi bir amaliy harakat olib boraman. Jonimni qurbon qilib turib, o'limdan qo'rqmay, halokatdan qo'rqmay, ne qiyinchiliklardan qo'rqmay, men shu amaliy harakatlarni va narsalarni, bilimlarni o'rganib harakat qilaman degan qarindoshlarimiz ozgina xatolashib qolsa, uni doim chiqib, uni ayblashimiz jo'q. Bu bizga hech vaqtda yaxshilik olib kelmaydi, yo xizmatimizga natija, yo ustuqlik olib kelmaydi. Bu qarindoshlarimizning hammasiningki niyati to'g'ri, ba'zan usul jihatda xato ketgan bo'lishi mumkin, fikr jihatda xato ketgan bo'lishi mumkin. Uni biz desa so'z ketsak bo'ladi. Yana lekin
vatanimizni haqiqiy qutqizishga ve o vatanni Xitoy kafirlarının qo'lidan tortib olish uchun yani jon beradigan barliqni doğru tikib hech qanday bir halokatdan zarardan qo'rqmaydigan jangovar mujohid yani askarlar bizga lozim. Ularni agar xato ketgan bo'lsa, biz to'g'rini bilgan bo'lsak, ularning askarligini, o ruhini, o nimani ayıplamasdan, ularning xatoligini somut holda chiroyli isbotlab, to'r dunyoga atmasdan, shuning aloqador qarindoshlar bilan ko'rishish orqali uni isloh qilishga tirishsak, bu bak yaxshi bo'ladi deb qarayman. Chunki u bizning qarindishimiz, bizning kuchi kelgusida vatanni qutqizishda inşallah yani şular çöldüse cennet aymay, hiçbir nesne aymay aldılar. Mağdağallah hem de onu bir hatalık öttü deplam, bir hatalıkını tutuverip keçkiş onu çoğu. Ya ki yüzümüzün ki kılgan işlerinin doğruluğunu ispatlaş için başkalarının azgını kılgan yaptıklarının hatalıklarını oturup takip çıkıp yüzümüzün doğruluğunu ispatlamay. Ulanın mı doğru yerini doğru da hata yeri bolsa baydigen uçaş. Alakadar yerler bilen görüşeş arqılı qarindoshligimizga ta'sir yetmagan asosda ularning jangovarligiga, fidokorligiga ta'sir yetkazmagan asosda ularni cho'q desa, tanqidiy fikrimiz bo'lsa, tuzatish nima bo'lsa tuzatsak bo'ladi deb qarayman. O masalalarning cho'q desa, bir necha yillik jarayon hammani tafsili so'zlab o'tirishninki hech qanday keragi yo'q. Şuna hazırki mezgil baymemen dep öttin. Hazırki mezgil burunqilarning yoki o'tganlarning yoki hazırqilarning onun eypini, bunun eypini ko'chilab chiqib dushmanlashish yoki shu desa, sen xato ketding deb uni pastga tushirib, o'zini yuqoriga chiqarish vaqti emas. Hozir qanday qilib bir vujud, tek vujud bo'lib turib, baş Xitoy kafirlarning yuraklerimizga sunak-sunaklarimizni o'tib ketib qolgan bu xo'rliqdan qutulishga qanday qilib kuchli ravishda harakat qila olamiz, bir natijaga erishadigan bir narsaga cho'q kela olamiz degan haqida o'ylansak, balki yaxshi bo'ladi deb qarayman. Qolgan u qarindoshlarimizning haqida deydiganim shunchalik uningdan ortiq deyishning keragi yo'q. Hammalarning qalbi yara, hammalarning yuraklari zardob to'shgan bir vaqt. Shunga biz-bizimizni ayıplashni to'xtatib nima qilsak deyman. Men masalan vatanda hammaydan ashta amaliy harakat qilamiz. Shu kafirlarning kuchi qarshi kuch hosil qilib qarshi turimiz deb chiqqan bo'ldik. Chiqqan bo'lgandan keyin tamam biz Yevropada bo'laylik, ya Turkiyada bo'laylik. Ularni tillab o'tdamasdan, ularning niyatiga ko'ra bir yo'l xaritasi yoki bir yo'chuq yoki bir narsa echish orqali qarindishim, menga yo'lingiz ya xato yoki hozircha eng zarur bo'lgani ma yo'lda mangayli deb yo'l xaritasini sizib shularni shu istagan amaliyotga boshlab beradigan bo'lgan bo'lsak, mumkin u qarindoshlarimiz desa, u yerlarga ketmagan bo'ladi yoki kesimi desa, to'g'ri tushunchada ketgan bo'ladi. Endi hammaylar yangi hissiyotimiz qattiq kuchli vaqtda nurg'un ishlarni xatolashgan bo'lishimiz mumkin. Ammo hozirgi vaqtda mayli Afg'onistonda bo'lsin, mayli Suriyada bo'lsin, barliq aziz qarindoshlarimiz hozir to'g'ri bir tushunchaga kelib, vatanning qanchalik muhim ekanligi, vatanni qutqizishning qanchalik zarur ekanligini, Xitoy kafirlardan bu aziz singillarimizni qutqazmasak bo'lmaydigan ekanligini hamma qarindoshlar asosan tunib yetdi. Biz hozir o tunib yetgan vaqtning o'zida ularga desa, qanday qilib hamkorlashib, qanday qilib birlashib, bir yo'l xaritasi sizib, bunga yo'l ko'rsatib, shu ishni amaliyotga oshira olamiz degan haqda o'ylansak, balki yaxshi bo'ladi deb qarayman. Mening ularga bergan fikrim shunchalik. Ag'an savol bo'lsa men Hozirning o'zida masalan bizningki ko'rurmanlarimizninki savollar tushyapti-da, ammo bu savollarni sizlarga so'rasam yana bu masala biroz detalli shaklda ichilishi mumkin, ammo biz zar buni ochmaslikni qaror qilgan suhbatning oldida shu qarindoshlarimizninki bugungi Sharqiy Turkiston masalasidagi nima deymiz, ya'ni jiddiyati qanchaliklik masalasida buning bir narsa deb baqamla, men savolning bu tarafini so'rayman. Endi o qarindoshlarning kelqi hammadanki ishki dunyosini istonda adamlarga o'lchab qilolmaydim. Mening nimamda ularning jiddiyligini ko'rsa, hammaga nisbatan jiddiy deb qarayman. Qo'ldan kelgancha hammadan
izlep yol tirişiyotidu. Kaçaniydi ularning jiddiyligini amalga oshira olishimiz uchun tag'in bu sirtki siyosiy xizmat ilib berayotgan yoki ijtimoiy xizmat ilib berayotgan qarindoshlarimiz hamkorlashib ularning tepkilarini, ularning shu aqsa-aqlarini to'ldirib, keng yerlarni to'ldirib bergan vaqtida bu jiddiyatni telefonda amalga oshirib bo'ladi deb qarayman. Çünkü hozir qarindoshlarimiz ko'pincha shu nimadan shu to'g'riligini, nimadan aksiyatligini, ular degandek tejovuzlar qilgan ishini xato degan narsa o'zlamaydi. Chunki biz bir yerda bo'linib olamiz, bir kishini qilib olib, bilim olamiz, mükemmel şaraitin faydalanıp bir iqtidorga ega ekanmiz. Bu yerda iqtidorni belgilab qo'ygan bir kendi sharoit bor. Uni qo'ymay, uni tushmaydi, bu bilimlarni javob bo'lmaydi. Bu kishinin makani. Unda bo'lganki, bu qarindoshlarimizni bu yerda xalqaro ijrolar orqali tartibga berilgan to'g'ridan qaralgan ba'zi harakatlarni ko'rsa, qatnashchilar etganimizga Cenab-ı Allah şehadetin çok bulunsun. Ve hata etken qarindoshlarimiz inson ularni kechirsin. Cenab-ı Allah etguncha g'afurur rahim. Shuning uchun bu qarindoshlarimiz jiddiyda hozir ko'rsa, hammalarga ciddi qarayman. Çünkü hammalar o'zimizga bak obdan bilamiz. Bak o'zimizning bilganligimiz uchun men bak jiddiy bo'lsam kerak deb qaraymiz. Ammo her bir odamning kishi qilayotgan harakati o'ziga loyiq jiddiy ve qattiq hareket edip berayotgan. Yani sizning demakchi o'g'illari buni kuchlandira olamiz deb qarayman. Sizning demakchi o'g'illari u yerdagi qarindosh mening bu savolni so'rashimdagi sabab bilmaydiganlar Amerika, Yevropadagilar yoki Turkiyadagilar bo'lsin, qayerdagilar bo'lsa, u yerga berib boqmagan, ularni bilmaydigan kishilarningki ularga nisbatan ijobiy va salbiy ko'z qarashlari ba'zida bu Facebook, WhatsApp to'plarida davomli tilga ilindi. Sizlarni bilili bu ishning tegini. Yani sizning fikrlarda ularning kendidan gap qilmaslik lozim degan gap chiqyapti hozir. Bu to'g'rimi? Doğru, ben ularning kendin gap qilishini cho'disa, istamayman gap qilgan qarindoshlarimga tavsiyam. Biz bilmagan ishlarga, amaliyat aralashilgan, ko'rmagan ishlarga, anglagan, ovozini tushib kelgan, to'rt dunyolarda sizning ovoz uzluq qilyapti. Bo'lsa mush ovozni bir o'ngishib aytgan bo'lsak, shu telefonning toki sel oz qolgandek qiladi. Telefonni toki chetib qo'yaylik. O'zlik bo'lsanda yuqori telefonning toki. Navosi mayli. Hozir o'ngishilib qoldi tutib qo'ygandan keyin. Ancha mush tutib qo'ysa o'g'dek telefonni. Şuna hozirgi vaqtda o qarindoshlarimizni hammaylar xizmat qilganda, harakat qilganda ba'zan ayıplarga, bir yo'lda manganlardan ba'zan katanglarga, ba'zan shu qazolarga uchrashimiz mumkin. Hem de o qarindoshlarning shu ajinda ba'zan ishlar buluqliq bo'lishi mumkin. Ammo uni anglab bilmay turib, biz-birimizni ayıplashni to'xtatib, hozir mening maqsadim bir vujud bo'lib, bu bir-birimizni ayıplashni to'xtatib turib, biz masalan bir jamoat, bir devletni, bir vatanni ishg'ol ostida tutadigan bir xalqning askari ham bo'lishi lozim. Askari ham bo'lishi lozim. Siyosiy kuchi ham bo'lishi lozim. Ta'lim tarbiyada har jihatda kuchi bo'lishi lozim. Bu bizning bir jismimiz, bir qochimiz, bir kuchimiz. O kuchimizni har turli gaplar bilan talaqa ularni butunlay xatolikqa yoki ayblashdigan bir ob'ekt qilib olmay, bir omil qilib olmay, ya'ni nishon qilib olmay. O qarindoshlarimizni cho'disa, duo qilish, nasihat qilish, samimiy ularga hissizdoshlik qilish orqali xatoliklarni tuzatib, boy degandek jangovarlik ro'yxatga kelmak oson emas. Hayotidan voz kechadigan ruh kelmak oson emas. Kelgan qarindoshlarimizni o ruhlarni o'ldirmay turib, xato ketgan yo'limizni tuzatib, ularning cho'disa qilmoqchi bo'lgan shu ishiga biz qolgan qarindoshlar hamkorlashib yo'l hozirlashib tirishsak, ularning cho'di maqsadiga ularni yetken bo'ladi va bizmi cho'disa bu tang yetalaymiz deb qarayman. Shu ayıplash cho'disi xarakterlik gap bo'lmasa deb bütün qarindoshlardan umid qilaman. Allah razı olsun. Şu qarindoshlar, şu kishilar Sharqiy Turkiston masalasida buningdan keyin Xitoy zulmiga qarshi, Xitoy kommunistlarga qarshi bir amaliy plan harakatlarninki bo'ldiganligi masalasida xabarlar bormi? Bu mesele
hazır o mesele ma bizning siyasi meselemiz okşaş, yoki başka meseleler okşaş, hemmeni uçuk aşkarı oturup tükep, gep kıladigan bir meseleler emas, sizler ondan bililar. Şunun için bu meseleler aşta hazır yep qalğan peti, məxfi qalğan peti məniş lazım. Bizde bir adetini yüzümüzge adetlenişimiz lazım. Bunun adetlenip qalğan nərsimizni çok terk etişimiz lazım. Bu biz bir iş yolda çıkmakçı olsak, bir iş kılmakçı olsak, kılıngan işinin ucu için ben bilişim gerekti deydiğen hem şahsının arzuyu aşında bulduğun bir iş var. Bunda boğan bir takdirde biz en yoğun, en güçlü bir düşmenge karşı durumuz. Onu vatanımızdan koğlap çıkarımız devatkan bir andaki qarindaşlarının ki bu da kılış doğru bir mesele emas. Şunun için qarindaşlarının ki o neslerini çözdüse benim bildiği yerim var, bilmediği yerim var. Ama ulanın çokum aşında niyetlerinin ve neslerinin bağlı. İşini ben şunun için ağın qarindaşlarının biz hazır Uyghur halkı bulaşıktığımız bilen bir muhacir, bir Türkistanlık bulaşıktığımız bilen bir-birimizge işenç deydigan narsa bek tüvel orunga çıkıp qalalar. Şunu bir-birimizge bolgan işencini asta emeli hareket arkalı, yüz tarafını körüşeş arkalı, bir-birimizni düşünüş arkalı bu işencini qolup kettersak, inşallah qalan narsa işlik gibi doğru qarayman. Şunu hemme narsani koyçulaşının yoki bu bek yaxshi ish emas deb qarayman. Allah qalan qarindoshlarımın meni kechirishini shu vaqtda so'rayman. Allah razı olsun. Nima uchun bu savolni so'radim desizlar? Datlaşlar var chet elde, şikayetler intayin ko'p. Nima uchun Sharq Turkiston mujohidlari yoki 3-chi temamiz bo'lgan Turkiston Islom partiyasidagilar Sharq Turkiston uchun somut amaliy Xitoy zulmiga qarshi harakatlar bo'lmaydi degandek masalalar masalan ba'zida manma deb qo'yma Sharqiy Turkiston masalasi butun dunyodagi masalan mujohidlarninki albatta yordam qilishga tegishli bo'lgan eng oldin qatordagi masalalarning birisi deb albatta buning ichida bugun men mujohidman deb da'vo qilayotgan insonlarning ichida eng oldingi qatorga albatta shu Sharq Turkistondan chiqqan insonlar tiziladi. Bunun uchun bu datlashlarni ochiqlab o'tish yoki yo'q qilib o'tish yoki buning bir o'rni borligini bildirish uchun va shu yerdagi qarindoshlar bu bizning bu nimani ko'rsa, bizning bu suhbatimizni cho'qim ko'rdi. Hozir ishidan izlayotganlarmi bo'lishi mumkin. Ko'rib qolsa bir yo'llanish, ya'ni bizning chet eldagi muhojirlar bizning mau ishni qilishimizni xohlaydi ekan degan bir narsani bu yerda ko'rsatish men so'rayman. Uning uchun men bu savolni so'radim ki xato qilgan bo'lsa bundan keyin farz ayin masalasida Xitoyga qarshi harakat qilish masalasida bu yerda butun olimlarning yoki Sharq Turkiston ulamolarining fikri birdek. Sharq Turkiston uchun harakat qilish farz ayin deb aniq fatvo bichilib bo'lgan bir zamonda bu yerga somut bir qadamlarning etilmasligi, da'voning nihoyat cho'ng bo'lishi, ammo amaliy harakatlarningki chet el muhojirlarining ko'zida ko'rinmasligi tufaylidan bu gap so'zlar yomon jiq chiqib ketyotdi. Shuning uchun buni biroz somut yoki bu qarindoshlar bundan keyin Sharq Turkiston masalasida manda qadam otadi yoki moy shekliga yaqin kelyotdi yoki o'zining bir bildigan yeri bor, o'zining bir turib oldigan yeri bor o'xshaydi degan bir qisqa javobni sizdan xohlayman. Allah razı olsun. Hem de bu bayligen okşaş bu mesele şu kılmakçı olan iş hem qarindoshlar dokusuna elbette bir tuttu buludu. O kadar bir asan kolay mesele emas. Hem şunun için mening yana arzuyum burunqi ishlarni kechkichki nima qilib o'tmay xatoliklardan o qarindoshlarni ko'p baydedim men. Jiqlarimiz vatanning intayin muhim ekanligini, farzi aynining ustiga farzi aynining bo'lib ketganligini hemmeyle yetti. Bunun için hazırki mezgilde hemmeyle kolumuzdan kelgençe tırışıyordumuz. Ama şu benim maksadım bu torba dünyasının neticelerini çıkmadım. Mesela çıkışını istemedim. Ağın kelimesi cık boğuluk için şöyle her adam özünün işini kılış gerek diyen maksatta.
Şunun için bu geplerinin alıp ketivergenden keyin men bir fikrimni o'zimning Allohning oldidagi mas'uliyatini qiyomat kuni hech bo'lmasa o'zimning bildigan tanlanmış oy fikrim düşüncelerimni o'tirib qo'ymay yana bir qiyomat yoki shu desa Allohning oldidagi xalqimning oldidagi mas'uliyatimni ado qilolmagan bo'lmay bir chiqib o'zimning fikrimni o'zimning düşüncelerimni bilganlarimni shu qarindoshlar bilan foydali bir nima qilishay deganligimiz uchun chiqdim. Allah razı olsun. Bu qarindoshlarimizni mening maqsadim shu qarindoshlarni shu maqsadiga erishtirish uchun avvalan hammalarning birlashishimiz lozim. Shuning uchun birlashmagan taqdirda mening ishimni sizlar bilmaylar. Sizning ishlaringizni shu men bilmayman. Her bir odamning o'ziga loyiq maxfiy va o'ziga loyiq shu ishlari bor. Ko'pinchilini boshqa odamlar bilmaydi. Hem bu siyasi meselede bazen namayiş, bazen televizorda çıkış, bazen bazı yerlerini ziyaret kılış, o televizorlarda hemen yani körlep durgan için perindaşlarımız onu kurdu ve onu çok daha değerliydi. Ama bazı meseleler daim ikranga çıkıdığan, daim sözler turalaydıgan bir mesele. Ama bunun işlerini çok televat kılıp, o perindaş, benim arzuyum kaç ki şu vakitinin özü dışında ihtilaf çıkmay, kolumuzdan kelgen şu iktidarlar bilen, kolumuzdan kelgence şu vaqtida Alloh akbar deb Allohning iroda qilgan bo'lgan harakat qiladigan bo'lgan bo'lsa, mumkin Xitoyning zulmi çok o kadar eshib ketmagan bo'ladi va bunchalar qilinmagan bo'ladi deydigan umidim bor. Ammo men yana bu ishni burunqini ayıplash bilan, burunqi o'tgan xatolikni o'tirib tashlash bilan bu ishni olg'a ilgilantirmaymiz. Shunga burun ishlarni bir alqan ma'suriy so'ngarchi kep deydi. Hastaylıqqa uni itib, bundan keyingi qadamimizda doim holda hammalar birlashgan holda ilib mansa bir ustunlik erişalaymiz deb qarayman. U vaqtda shu desa, bilish tegishlik ma'lum kishilar biladi. O ishongan kishilardan qolganlar bizga ishoninglar, biz ma'lumotimiz bor desa, qolgan qarindoshlarimiz ishonib sabr qila oladigan bir holat kelsa, u vaqtda bu ishimiz olib ulgurlaydi deb qarayman. Allah razı olsun. Abdug'ani Sabit qarindoshimiz telefon qilibdi. So'zni anglab boqinglar. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Evvelen şu sohbetki qarindoshlarga men so'rayim va The Bluetooth device is ready to pair. Şuna birge mesela bu sohbet anlatın qarindoshlarga rahmat. Bugungi sohbatda alaqada qo'yilgan temalar asosan chatnalda chunki men so'rayim bu yerda xalqimizning millatimizdagi ittifoqligini ko'zda tutib turib, shuncha temalar chatnalda, lekin men uni to'g'ri tushundim. Bu to'g'ri nurg'un kitoblar binasi yozilgandan keyin men so'rayim bilan bizdan Allohga xatir ko'rishib avvalgi ba'zan savollarni so'rab olaman. Meniki bu sohbatda ko'rganda yanqi o'zimning manda bir taklif fikrlarim bor masalan. Sharq Turkiston masalasi, ya'ni bu yoki Sharq Turkiston bo'lsin, ya dunyoda har qanday bir davlatning masalasi mesela yumuşak siyaset ve katı siyaset sel olmaydı. Şark Türkistan meselesinin elbette bu meselenin içinde. Yani mesela Şark Türkistan Müslümanlarının ki Şark Türkistan halkının ki azatlıkını közü tutup oturup kulga Kur'an ağan her kanday bir Uygur'un ki mud'a ve nişanı doğru. Lakin usul cihette çok dikkat kılsa buludu da oylayım. Çünkü mesela dünyadaki nurgun siyasi uyumla aşağı oylanıp giteydik. Şunga bu to'g'riliqqa bak fikr qilib o'tirmayman, lekin endi meningki deydigan gaplarim mushu sahnada deydigan gaplarim masalan ayni yillarida shu vatanda xalqimizni qurolli bir harakatdan ozod qilamiz deydigan qarindoshlarniki ba'zan bir tashkilotlar inkor qilgan bo'lgan bilan bu xalqaro rayon xarakterlik davlatlarga tadqiqot markazlarida bu Uyg'urlarning qurolli kuchining borligini va hozir qadar Xitoyniki yillardan beri bu Uyg'urlarni xalqaro terrorizm qalbiq akirman degan bo'lsa-mu, g'arb davlatlar boshliq davlatlarniki yo Uyg'urlarningki buni mushunda qiliq boshqa chiqib panohnishiga Xitoy hukumatiniki Sharqiy Turkistondagi musulmonlik deb qo'ygan zulmlari mushuna sabab bo'lgan. Bu mesele terror meselesi emas deb yillardır bunu deb kelmekte. Mesela bu hammaning aniq bir narsa. Çünkü Sharq Turkiston desin bir davlat. Bu urushning uzilishini qaydirıldı, bu tarafdan so'zlab o'tirmayman. Mening deydigan gapim mesela yillar ilgari bizning o qarindoshlarimizniki Turkiston Islomiya deydigan yaxshi arab jurnal chiqibdi. Bu mesela desek şu qarindoshlarniki asosiy maqsadda Sharqiy Turkiston musulmonlarniki besha qilayotgan dard alamlarni
o jurnal burun təsvili bir takım çıkarttı. Hazır mesela yılda bir takım çıkan bu kaldı. Bolsa mesela aşında Arap tildeki jurnallarının da şahısa Müslümanlarındaki beşik kivatkan det elemlerini to'g'ri bir to'g'ri bir nishonda masalan desak boshqa xalqaro rayon taraftagi ishlarga aralashtirmasdan arab tilida ana shundoq ko'plab yozib va nashr qilib chiqishni umid qilaman. Shundan birga mening nihoyat ko'nglim yaragan bir narsa bo'ldiki, masalan bo'lsa qarindoshlar ba'zi vaqtlarda filmlarida bu vatanni biz ko'rsatayotganimizda paxpaq maytlik ishkini urib qo'yib boshqa yerlardagi masalan qalam bilan yozib bo'lmaydi, bayroq bilan Xitoyning elchixonalar namashgan qarindoshlarimizni tuxumiyat oziqlanmasa, shuhrat oziqlanmaydi degan ana shunday xato binosilni masalan o'ziniki filmlarga chiqadi bu xato binosi mushta narsa kuchli sabab bo'ladi. Shunga bu shaharlarga diqqat qilish kerak. Men buni so'rayman. Ikkinchi masala Mesela Muhaysin degan bu adam bo'lganda shunda bir film taqatdiki, Turkiyaning chegasi kirgan odamlar jannatning oldiga kelib turib nimdab kelmaydigan mushla bir narsa bo'ldi. Shunga bundan narsaga diqqat qilib, asosiy maqsad va nishon qanday vaqtimizda shartlardan qutuldirish kerak. Buni qartash deb o'ylayman. Shunga birga masalan, bu yerga qayrilib bu vatan ozod qilmoq oddiy bir ish emas. Biz dunyoda butun dunyo qo'rqayotgan bir Xitoyga erishayotganmiz. Xitoy erishayotgan ekan, buniki ijtimoiy siyosiy arkışları buludu. Şununla bir yerde haddinden ziyade artık o tanqidlash qarindoshlar bu to'g'ri taraftarım emas, o qarindoshlarni inkar qilish taraftarım asla emas. Çünkü bu millatning asosiy kuch. Lekin o qarindoshlarning o'ziga ba'zan bir xatoliklarni tuzishi, diqqat qilishi asosiy o'ziniki g'oya nishoni ayni rahmatli maqsum. Shu nishon bo'lganda, shu nishon g'oyani qanday qavaqshatsa musulmonlar oziq qo'shni iborat. Bu masala markaziy o'shasa menimcha o'ttirki muhabbatlik tugay deb o'ylayman. Hammalarga salom, rahmat, Alloh razı olsun. Allah razı olsun. Rahmet sizlarga Abdug'ani Sabit. Sözler tuggan bo'lsa. Sizin tugayda rahmat, Alloh razı olsun. Rahmet. Bununla qaytib qo'ydigan qarindoshimiz o'zining taklifini o'ttirib qo'ydi. Bu qarindoshlarimiz to'g'risida. Mayli ular qo'li qurol olgan bo'lsin, mayli u yerga borgan bo'lsin, xalqaro dunyoninki ularni terrorchi qaramaydiganligidan iborat bu fikrni o'ttirib qo'ydi. Chunki bizning qarindoshlarimizni haddidan ziyoda qo'rqib ketadigan, masalan, bu Qur'onning gapi chiqsa, darhol bizni dunyo terrorchi deydi emasmi? Deydigan mandaq bir narsa bor endi, bir psixik mijoz bor. Bunga nisbatan Abdug'anijon bu yaxshi bir fikrni o'tirib qo'ydi. Bunun qaytib qo'ydigan so'zlar bormi yoki boshqa tema deb ketdimi? Abdug'ani Sabit qarindoshimizdan Alloh razı olsun. Bugun mana ovozini anglabdi, jalliq yayında kurashishni Alloh nasib qildi. Men nurg'un gap so'zlarni anglab ta'qib etayotgan qarindoshimizdan birisi Alloh doim adolat bo'lishga, haqqoniyatchil bo'lishga bizga texam Cenab-ı kuch-quvvat, iroda, iymon ato qilsin. Doim o'zining adolatmandligi bilan, haqqoniyatchiligi bilan hech yerga yon bosmasdan haqni haqlab kelayotgan bir qarindoshimiz mening tushunchimda, ko'rgan narsalarimda bugun Alloh nasib qildi. Shu orqali inshaalloh bugun bundan keyin aloqaga o'tib qarindoshligimizni texam inshaalloh Alloh kuchlantirib bersin. Nihoyat Alloh razı olsun, yaxshi gap qildi. Tamam, uning gapi yo'q. Bu qarindoshlarimiz u yerga borgan qarindoshlarımızdan hech bir hammalar inson. Bay degandek nurg'un xatoliklar o'tildi va o'tilyotdi. Bazen bay dedim ya, bizning hozir Xitoy o kadar zulm qilyapsa, o zulmdan qanday qilib qutulamiz deganni maslahat qilishning o'rniga o'pab doim bizimizning qilgan ishini ayblashga, natijalanayotgan hayotimizda nurg'un vaqtimizni shunga ketib qoldi. Bu qarindoshlarimiz tabiiyki u narsalar ularla hem onun içinde bazen bay degan o'xshash bir insonni, bir milletni, bir ümmetni men bir iş qilgan bo'lsam, men bir ishni to'g'ri deb qaragan bo'lsam, hammasini mushak qilish kerakdi degan narsani bu bir insonning xilqatiga va Allohning insonlarni yaratishdagi narsaga uyg'un emas. Hech vaqtda hamma inson bir narsaga kelmaydi. Ammo har bir insonning o'rnida qilayotgan xizmatlarini uni qo'ldan kelishicha xato ketgan bo'lsa agalandirish berib, u qarindoshlarimizni bizdan bak oliy ustini yer turayotgan bo'lsa, qolgan qarindoshlarimiz haqidan bizlar haqidan doim duo qilib xato ketmasligimiz uchun texmicho qalbimizni Allohning iymonga to'ldirishi va haqqoniyatchil bo'lishimizga ezib ketmaslik uchun
dua kılışı bu kırındaşlığının vazifesi. Dinimizde, Kur'an'ımızda, hadisimizde belgelengen kırındaşlığının, Müslümanlığının, müminlikinin çoğu süpti. Efsus biz emmeyle Müslüman deyimiz, emmeyle mümin deyip yüzümüzde çoğu dava kılımız Allah hakiki müminlerden boğulun istiyorsun. Ama mınlarca efsus bolsun ki biz bir ılgar bir işini kıldık Allah rızası için. Ya ki âli derecede bir ibadetini kıldık ya şunu kılış için Cenab-ı Allah bizni müşerref kıldı. Kılgandan keyin lan o kadar Allah'ın kılgan o nimetini zaya kılışının bedeliga başkalarını ayıplaydigan bir iş. Onu seni Allah onun müşerref kılgan bolsa sen Allah şükür dep durup tekimi tüven bulap durup başka okumaydigan, bilmeydigan qarindaşlarının hakkında her türlü fikirlerini çoğu kılmasın, ulanın hakkında yaxşı dualarını çoğu kılış bu Müslümanlıkның, bu qarindaşlıkның, bu çoğu dostlukның ki müminlikning süpetlerinden birisi. Abdülgani Can'ın gepigine ait qatilimen şu qarindaşlığımızın çoğu dese hemmeyle bir-birimizga dua kılsak kemçiliklerimizi tor dünyasında emas yüzüzlük ilerleydiğin yüzüzlüğe bolmasa hiç bolmasa ayrım adırlarımızda hatalıkını tüzlep düşmenge uyan oynaydığı işlerden çoğu uzaklaşsa dep arzu kılımen. Yanıla ki cesaretige Allah razı olsun. Telefon kılıp üzünün çoğu meydanını, üzünün fikrini verip uçuklığımı belgelemek için, izahat belgelemek için Allah razı olsun kardeşimiz. Allah razı olsun. Ben bunun okşagan qarindaşlarga köp rahmet aytaman bu. Yani bizning bu ikramninki meseleleri şu hazır şu nima uchun insonlar WhatsApp toplarida yoki Facebook'ta olsun isimsiz suratsiz bir şekilde bilgilenmeydiğin insanlar çıkıp bazı meselelerni o'ttirib qo'ysa bizning xalqimizning tizlam ishindikan zaten hazır ikramni chiqanmadan qodir masalan har qanday bir fikrni o'ttirib qo'ygan inson ocha oladi ammo ochmay turib nurg'un narsani tashlab qo'yib fitna fasod ko'payib ketganligi uchun o'shunda naq maydonda yuraglik erkakdek telefon qilgan qarindoshlarni ko'rsam men haqiqatan xush bo'laman. Har qanday gap so'zinglar bo'lsa mana Abdug'ani Sobit qarindishimiz telefon qilib naq o'ttirib qo'ygandek mana o'ttirib qo'ya olsanglar va ana pastda bek jiq yezishmay qarindishim qanaqa gap bo'lsa mana o'ttirib qo'ymamsiz deyalisak bir-birimizga uningdan boshqa gaplarga bek e'tibor berib ketmasak u odamni taq tonimaymiz suratini taq ko'rmagan ismini taq bilmaymiz ashundaq notonish insonlar Beyjingda Urumchi turib yozyapamdi biz uni bilmay turib uning so'zlarini rostga chiqarib yoki yolg'onga chiqarib bu shaklda biz bir bizning nimamizdan chatoq chiqyotdi ijtimoiy ahvolimizdan shunga ismsiz suratsiz bilmagan insonlar rost haqiqatni desimi ishonmayli xatoni yolg'onchilikni desimi ishonmayli qarindoshlar haqiqatni degan odam cho'qim haqiqat bilan birga chiqadi jonliq chiqadi hech bo'lmaganda Facebook'dagi WhatsApp'dagi ismi o'zining ismi bo'ladi yoki bir surati o'zining bo'ladi hech bo'lmaganda bo'lmasa insonlar bir taniydigan bir inson bo'ladi bularninki so'zga e'tibor bersak bo'ladi ammo keyin turib yezib uni tillab buni maqtab degandek masala bo'lib qolsa biz bunga diqqat qilishimiz lozim deyman. Turkiston Islom partiyasi masalasida bunga bir sukishib o'tib ketamdiq Mansur hojim. Başualıqda Afganistan, Suriye degan zaten şu Türkistan İslam Partisi'ye qarindoshlarimiz onunla erişken küçük cemaatlerinin umumiy meselesine bir kurdep öttük dep qarayman. Bu yerde Afganistan'da fakat birlam cemaat var mı yoki bir 2-3 cemaat var mı? Ya Afganistan'da birlam cemaat. Tamam. Bilsem mi so'rab qo'yay chunki mush ishdimi nurg'un kishilar ixtiloflashdi. Çoğun cemaat palanchi miyadan chiqib ketibdi, miyada ayrim cemaat o'tdi degandek masalalar. Keyin Suriyada o'xshash gap chiqdi, uning uchun so'radim. Xo'sh. Unda o'sman bu o meselelerni bir gap qilib o'tib ketsam, xo'sh. Hem tamam bu degan o'xshash bir insonlarning fikri emas, o'xshash bo'lmaydi ekan. Ba'zan biz cho desa, anında yaxshiroq bir ishni qilamiz deb, ma'vo vatan uchun qilmadi yoki etmadi, biz uningda yaxshiroqni qilamiz deb niyat qilib cho o'ylaydi ekanmiz, yaxshiroqni qilishga bir irodamizning ishonchimizninki bog'liqligi ishonib ba'zan yo'ldan chiqadi ekanmiz. Ba'zan ishlar amaliyotda og'zimizni o'ylagan, qalbimizni o'ylagandek bo'lmay, yana cho desa, bu qalaban ishlarkan, hozir o kichik cho'ng degan ishlarni
asasen ameliyattan çıkıp kaldı. Hazır bir asasen yakın. Hazır çünkü vatanın ahvali o zulümde bunda çıkıp atkan vaktimizde o arada bunda sürgülüşmüyor. İnşallah tekrar çözülse birleşik şekilde doğru ümidimiz var. Şunun için ben bu ihtiramı çıkıştım. Dünyadaki Uygur Müslümanlarımızın, muhacir kardeşlerimizin hemmelerinin birleşik kessek deydiğim arzuyum ve bazen fikir tekliflerim bulunduğu için onu inşallah şeraitimiz olsa yol koyumuz. Şu arzulu çıktı. Anasıyla burunqudek hazırca qammadı tüydü de parayım inşallah. Allah razı olsun. Muhammed Emin Yigit oğlu degan qarindishim sizni men tanıdım. Allah sizden razı olsun. Budaqi Anqaraga mangdagan karvon masalasida aldın qatorda mangdingiz, xizmatingizni ko'rdik, hatto ziyoratimizni qabul qildingiz. Fikrimda telefonimiz bor. Abay men ba'zi gaplarni qildim, men keyin sizga qarasam, siz bizning o'zimizniki tanish qarindishimiz ekansiz. Telefon qiling, kallangizdan o'tmagan ishlar bo'lib qolsa, telefon orqali desangiz, biz chiroyli ochiq bo'laylik. Ya'ni sizlardan xafolab ketadigan ishim yo'q. Mendan xafolmanglar. Telefonlashib ochiq qilib o'taylikki, bir-birimizni xato tushunadigan ishlar bo'lmasin aziz qarindishim. Bu da ishlagan videolaringizni ko'rdik. Nasihat xarakterli videolarım chiqdi va siz ishlagan video masalasida ba'zi fikr ixtiloflarim chiqdi. Nəhayət ochiq yo'riq bir şekilde ishni hal qilishni o'rgansak, inshaalloh ma fitna fasodchilarninki bozorini o'ltiraleymiz. Masalan, bir dora har qanday bir inson birinligi azob bergan bo'lsa yoki bir gapni ko'tarib chiqqan bo'lsa, darhol menga tanishtirsanglar yoki onun bilan soatlarcha yezishib, tilishib, qaqishib, chashlashib ketmay, bunday bo'lsa mana men ekranga chiqib deyishamdiq fikrimizni danglar aziz qarindoshlar, shu talashqanlar chiqib ilmiy shaklda bir-birimizga choy qo'yishib, bir-birimizni yaxshi ko'rishib, ochiqlashib, chiroyli muhabbat bilan ittifoqlashgan bir natijani ilib chiqib ketaylik ekrandan. Bo'lmasa bu fitna fasod tugamaydi. Shunga bak cho'ng so'zlagan, bak bir-birimizga azob berishgan insonlar bo'lsa, mana ekranga marhamat desanglar, hammasi to'xtaydi, tugaydi aziz qarindoshlar. Men bugungacha bir programmani qilolmay kelyapman, 1-2 yil mobaynida. Tartishadigan, bir narsalarni ochiqlaydigan, bir-birimiz bilan jiddiy suhbat qiladigan masalalarda qarindoshlarimizni ekranga taklif qilsammi, u kelgil unimadi, ammo ekrandan keyinda urush talash, mushpashva sat so'zlar davomli Facebookda, WhatsAppda davomli chiqib turadi, ammo shu mayli Mekke, Medine'de yaşaydigan insanlar olsun, mayli Türkiye, mayli Avrupa, Amerika'daki qarindoshlarimiz nəhayət set bir-biri bilan kirishib, bir-biriga azob berishgan vaqtida ularga men telefon qildim. Chiqinglar mana qarindoshlar, bu yerda chiroyli bo'laylik, bir-birimizga to'g'ri tushuntirishaylik. Chunki sirtda bir-birini xato tushunib qolgan insonlar bir dasqon ustiga kelsa, cho'qim bir-birini to'g'ri tushunishga tirishadi. Uning uchun qarindosh bo'lish degan bir narsa bor bizning dinimizda. Desek, köpüncüsü çıqqılı onumada bu ekrandan keyinde muşpeşva etişip asan boğanlık üçün aşağıda etişip bizden millet bugün geçe bu qavga tügümeye vatıdı. Hoş, Türkistan İslam Partisi meselesi de biz hem de bunu ilan qiyiziptik. Bununla biraz ahirki ben sualımı sorab ötep gitey. Bu qarindoshlarga berdigan bir tavsiyalarimiz bormi? Mesela Abdug'ni Sabit qarindishimiz chiroyli hürmetli şekilde özünün fikrini oturup koyup şu qarindoshlar xatolik şekilde tunsa, bazen videolarni chiqadi, bazen to'g'ri videolar bo'ldi, bazen xato videolar bo'ldi, hatta bazen videolarni davom qilsa ekan degan fikrni oturup qo'ydi. Ular mayli qo'li qurol olsin, mayli u yerda jihodiy faoliyatlar bilan bo'lsin, dunyo ularni bugungacha bir nima terrorchi yoki Sharq Turkiston xalqini terrorchi degan qarorga kelmadi. Ki Xitoy bizni qancha qarlab beqishga uringan bo'lsin, bugungi dunyo Sharq Turkiston xalqini, ya'ni Uyg'urlar terrorchi xalq degan narsani asosan cho'ng bir shamoli chiqmadi. Chunki Uyg'ur xalqi zodi bu zulmdan chiqib, qo'li hech eng xato tushunganlari zulmga qarshi qo'li qurol oldi deb tushunib kelyapti deb bu fikrni o'tirib qo'ydi. Sharq Turkiston Islom partiyasi masalasida qanday bir tavsiyalari bor? O qarindoshlarimiz
Buningdan keyin bir qanday bir ishlarni qilsa, chet eldagi muhojirlar bilan o'rtaq bir fikrda bo'ladi. Chunki 2-3 kundan beri yomon qizib ketyotdi. Bu mujohidlar unda qildi, u yerga ketdi, bu yerga ketdi, Turkiston tashlab qo'y degandek masalalar bo'libmi Yevropa bilan Turkiyada o'ttirib qarindoshlarni yo'qib ketdi. Bu masalani sizning og'izlardan bir ochiqlanib ketsin ve bir ittifoqqa kelaylik. Xo'sh. Şimdi Türkistan İslam Partisi qarindoshlar hammalarning bayman degan o'xshash o'zimizning qarindoshlari. Çok samimiy, sağlam aqida bilan shu vatanni o'ylab chiqqan qarindoshlarimiz. Ammo ba'zining tushunchasiningki ojizligi, diniy bilimining tuvanligi yoki ba'zan bilimsizligimiz tufayli ba'zilarning kishilar desa o'rgatgan og'ziga sep qo'ygan gaplar bilan ba'zi narsalarni sog'an bo'lishi mumkin insonlik holi bilan. Hozirgi holida biz zaten qo'limizdan kelishicha uchish yo'q degandek ko'rishalaydiganlar bilan ko'rishib qo'limizdan kelishicha ketgan xatolik bo'lsa uni chiroyli deyishib shu qadar uni kelyapmiz. Fikrlarni tullashib o'tirishdan iborat narsa qilmasdan. Yana lakin men ulardan istaydig'im hozir biz hammaylar Uyg'ur musulmonlarining avlodi. Çünkü biz Uyg'ur bo'lishni, Uyg'ur musulmonning avlodlari bo'lishini biz tanlamadik. Rabbimiz bizni shu Uyg'ur musulmonlarining avlodlari qilib Rabbimiz yaratdi. Bizning ixtiyorimiz bo'lmagan bir narsa. Allah bizni shu xalqdan qilib yaratdi. Biz Türkistonlik bo'lishni biz tanlamadik. Cenab-ı Allah bizni shu zaminda bizni yaratdi. Demek biz Türkiston zaminida yaralgan şu Uyg'ur musulmonlarininki pushtidan dunyoga türeldigan Rabbimizning bir hikmati, bir maqsadi bor. Biz evvelen biz şu xalqimizdan tilini biladigan, urf-odatini biladigan, onamiz bo'lgan, ochimiz bo'lgan, şu hamma sharoitni biladigan xalqimizdan birinci mas'ul. Çünkü Peygamber Aleyhisselam ve kullukum ra'in ve kullukum mas'ulun en ra'iyyati. Hamma bir patişçi. Hamma bir patişçi qandaq o'zininki bakmakçı olan qo'ylardan, patıllardan mas'ul bo'lgandek, sizlar o'zingizning patisidan mas'ul deb ashunaq dedi. Biz şu xalqning ishi turalgandan, şu xalqning ishidan Cenab-ı Allah tarafidan yaratilgan bo'lgandan, birinci mas'uliyetimiz şu bilgen şaraitini bilgen şu xalqimizni zulmdan qutqizish. Yani Cenab-ı Allah Kur'an-ı Kerim'de ya eyyühellezine amenu qu anfusikum ve ahlikum nara. Ey iman keltirgan zatlar, sizlar evvelen öz nefsinglarni qu anfusikum ve ahlikum ve ahli balchaqalaringlarni davzaxning o'tidan qutqizinglar dedi. Bu yerda Allah nima dedi? Evvelen öz nefsini qutqizamagan adam boshqani qutqizolmaydi. O'zingni qutqizinglar, shundaqla mo'min ketdi. Qu anfusikum ve ahlikum nara. O'zinglarning nefsini qutqizish bilan baraber ahli balchaqalaringlarni davzaxning azobidan qutqizinglar dedi. Türkiston xalqi bizning ahlimiz, onamiz, dadimiz, ochimiz, singillarimiz, qarindoshlarimiz u. Yana nurg'un oyatlarda, hadislarda yaxshilikni avvalancho aqribodan, uning yaqinidan boshla yordamni deb, uning tavsiyalar qilmaylar ma'lumlik. Shunday bo'lgan ekan, u bizning bir parchamiz bo'lgan, u bizning mas'ul qilib Allah yaratgan xalqimiz hozir zulm ichida deyanmayotgan, voyjon deb baqirmayotgan, ko'zining ichidagi yoshni teshig'i chiqaramayotgan, singillarimiz, ochillarimiz deb sendi qilib qo'rlanayotgan bir mezgilda bu qarindoshlarimizni o'shini tepish kerak, aqlini joyiga ekilish kerak, xato ketgan yerlar bo'lsa tuzatish kerak. Bundan keyin burun bo'lgan ishlarni Allah Cenab-ı Allah bo'lgan shahidlarimizni qabul qilsin. Xatoliklarimiz bo'lsa afv qilsin, kechirsin. Ama hozirgi mezgilda desa, singillarimiz, ochillarimizni o'ylamay, ularni qutqizmay, o'zining onasini Allah birinchi mas'ul qilgan, shu yerdan turaldirgan u xalqlarni qutqizishga harakat qilmay, birinchi ularni xatoda qo'yib, jiddiy qarab, ularni qutqizishga harakat qilmagan taqdirda biz Allohning oldida u mas'uliyatdan, Allah şu qo'liga bergan quroldan, shu sharoitdan cho'qim qiyomat kuni har bir insondan so'raydi va shu qarindoshlarimizni cho'qim so'raydi qarindosh. Çoğu qarindoshlarimizni tamam burun ish xato ketgan bo'lsa Allah kechirsin salavat. Hozir hushimizni tepib, xalqimiz desa, chet eldagi qarindoshlardan, o'g'illardan, erkaklardan, bolalardan, farzandlardan desa, qattiq cho'ng umidlarni kutyapti. Çoğu qarindoshlarning
Endi asla Türkistan meselesini çok birinci ciddi ahvalda korup, qanday qilib şu qarindoshlarni tutqizalaymiz degan yerga çok ciddi qarashini. Başka siyasi hareket qilayotgan, her yerde çok quludin kelgan qilayotgan barliq aziz qarindoshlarni eyiblash xarakterlik emas, ularni qarindoshligini çok izhor qilib, ular xato ketgan bo'lsa chiroyli tuzadigan va qarindoshlik qo'ylagan. Ularga çok yordamchi bo'ladigan yerda yordamchi bo'lib, şu bir vücut olup, şu xalqimizni qutqizishga ularning tirishishini umid qilaman. Chunki o Türkistan İslam Partisi bizning Uyg'ur xalqining ichidagi eng cho'ng jamoat, eng kuchli jamoat, eng cho'ng qulov qural olgan, hayotini do'g'ri tikib qo'ygan, o'limdan qo'rqmaydigan bo'lgan cho'ng bir jamoat. Shung ularning o'zining qimmatini o'zining bilishini umid qilaman. O'zining qimmatini o'zining bilishini, asliga qaytishini, xalqining o zulm uchrayotgan aç-sing'illarimizning ulardan qanchalik umid kutayotganligini aslishini qaytadan, ya'ni asligan bo'lsa-mu, ya'ni qaytadan eslab chiqib, jiddiy tirishishini umid qilaman. Qarindoshlarga beradigan tavsiyasim o biz her zaman o qarindoshlarning yanida va orqasida birga bizning qo'limizdan qanday xizmat kelsa, biz desa bo'risa qilishga va shu Turkiston xalqini qutqizishga qanday rolimizni bo'ldigan bo'lsa shuni qilishga biz hozir bu qarindoshlardan istaydig'ini shu. Alloh mendan rozi bo'lsin. Allah razı olsun. Qarindoshlarimiz bu Afg'oniston yoki Sharq Turkiston Islom Partiyasi qatorliq masalalarda nurg'un savollarni so'ratdi. Bu masalalarda men birozdan Mansur hojimning telefon nomerini ekranga yozib qo'yaman. Buni taqim chunqur tushunishga qiziqadigan qarindoshlar bo'lsa o'ziga telefon qilib nimqisi bo'ladi, so'rasi bo'ladi deb bu masalani bu yerda tugatamiz inshaalloh. Alloh shu qarindoshlarimizni Sharqiy Turkiston masalasida texmo jiddiy qaraydigan qilib bersin inshaalloh. Amin. Amin. Xo'sh, sizlarni biroz charchatgan bo'ldik. Asta-asta nimaninki charchash emas bu inshaalloh. Vaqtimiz birga kelyotdi, yana 2 temamiz qoldi. Buni davatgandan keyin andan suhbatni oyoqlashtirsak bo'ladi. Suriye masalasi. Ba'zi qarindoshlar endi buni demasak, deyishmasak deydi. Xo'sh. Asli bu masalani deyishdimi, hozir Mansur hojimmi jinini qo'ltiqqa qo'yib chiqdi. Menmi jinimni qo'ltiqqa qo'yib chiqdim biz qarindoshlar. Bu yerda Turkiston Islom Partiyasi Afg'onistonning masalasini Yevropaning o'rtasida turib deyishish, Turkiyadagi bir davlatni men bu qadar shaklda deyishni o'zi unda oddiy bir ish emas. Bu jon bilan munosabatlik. Xitoy bizni har qanday bir shaklda so'zlarimiz bilan, surtimiz bilan qilgan bu tashviqot faoliyatlarimiz bilan va Mansur hojimning so'zlari bilan qorlab o'tadi. Shuning uchun suhbatlarni mandaqla bo'la chiqib so'zlayotgan o'xshaydi deb qolmanglar. Bu so'zlanayotgan masala undaq oddiy bir masala emas, bizning jinimizga taqishadigan masala. Ammo buni demayli, so'zlamayli. Deyishdik yo'q, yana tarix takrorlanib, mayli Turkiyada bo'lsin, mayli Afg'onistonda, mayli boshqa Suriyada bo'lsin, qayta ishlar, masalalar o'tirg'i chiqmasin deb ibrat qatorida buni so'ragan bo'ldik va nihoyatda go'zal bir shaklda suhbatni elib beryapmiz aziz qarindoshlar. Shuning bundan xabaronlik qo'yinglar, bizning bu yerda qilgan har bir so'zlarimizni Xitoy hujjat qilib bizga qarshi ishlasa, futbolishi mumkin. Biz bu programmamiz masalasi bilan bizga bir jismoniy, fe'liy bir jazo, ziyonkashlik yetib qilishi mumkin, ammo biz bu xizmatni qilmasak bo'lmaydi aziz qarindoshlar. Quruq gap bilan bu tashviqotni qilib bo'lmaydi. Shunga bundaq temalarni ep chiqib kallamizni ochiq tutayli. Bir masalaning ichiga, quduqning ichiga cho'kinib kirib olmay, bir ishni bilayli, ochiqlab o'tayli. Eng muhim masala
Mayli biz Afg'oniston masalasini, Sharq Turkiston Islom partiyasi va Suriyada bo'layotgan urush masalasini qanchaki yo'shilsaqmi, ekranning keyinda nihoyat jidallar jiq bo'lib ketyotidi. Facebook va yoki WhatsApp to'plarida. U yerda varang-churung qilishib, u yerda tillashib, u yerda nihoyat g'avg'o, urush jidal qilishib, endi bu yerda ochiq yuzimizni ko'rsatib, aniq so'zlar bilan o'tirib qo'yib olsak, buni demasak bo'ldi, qilmasak bo'ldi, etmasak bo'ldi deysak, o zaman WhatsApp'da qilishmayli, Facebook'ning keyindimi qilishmayli uni, urushmayli bir-birimiz bilan, fitna terishmayli. Shu ishlar qayta yuz bermasin deb Mansur Hajim bu ekranga keldi. Ya'ni shu ishning bilarman kishilaridan birisi. 23 yil jarayonida bo'lmagan, chiqmagan tog' tushmagan o'y qolmagan bir shaxs. Bizning hurmatli mehmonimiz. Jinni qo'ltiqqa qo'yib turib bizga bir belgi beryapti aziz qarindoshlar. O telefonda ayrim so'zlash, ayrim gap. Ma ekranda butun dunyoning oldida CIA'ning, FBI'ning, KGB'ning, MIT'ning, Gollandiya saqchininki va NATO'ning oldida Afg'oniston masalasi, Taliban masalasi, Sharq Turkiston Islom partiyasi masalasini deyishmek uncha bir oson ish emas. Bu suhbatlardan yaxshi bir manfaat, ma'no chiqsa inshaalloh bu bizniki xizmatimiz bo'lgan bo'ladi inshaalloh. Alloh bizniki xizmatimizni qabul qilsin. Xo'sh, Turkiston Islom partiyasi to'g'risida bir qancha savollar bor, ammo men buni so'ramay o'tib ketay. Bu masalani shunchalik bilib tursa yaxshi deb o'ylayman. Qolgan vaqtda boshqa shaklda izlansin qarindoshlarimiz. Ammo abay bir gapni deb qo'ydim, yana bir takrorlayman. Mushu bilmaydigan insonlar, mayli Urumchidan chiqamdi, mayli Beyjingdan chiqamdi, mayli hech surti yo'q, hech ismi yo'q, jamiyatda hech kim bilmaydigan insonlar Facebookda, WhatsAppda to'g'ri gapni qilsa-mu, ishonmanglar qarindoshlar. To'g'ri gapni qilsin. Nima uchun biz ularni bilmaymiz? Fitna terish uchunmi qiladi? Aramızga ziddiyat silish uchunmi qiladi? Ya'ni bir masalani o'tirib qo'ygan insonda sen kim, nada yashaysa, kamerani ochayli, ya ma ekranga kelayli, yoki sening ovozingni anglay deb, undan keyin bu inson to'g'ri bir inson va yoki kishilar bildigan inson bo'lsa, buning so'zini ilk alayli, bo'lmasa to'xtamay uni ambahrlab, tag'ma taqitib 3 kundan beri mening ko'nglim intayin rohatsiz. Mujohidlar ustidan va yoki Türkiye üstüden veya ki Avrupa üstüden nəhayət bir uruş talaş olub ketyapti. Bazı qarindoshlar Avrupani tillaydigan, bazı qarindoshlar Türkiyəni tillaydigan masalasida. Buningdimi birozdan keyin eng oxirgi temamizda Mansur Hajimdan bu masala to'g'riliq so'rayman. Hozir kelgan yerimiz Suriyaga keldik. Mayli biz yoshirib olayli, mayli qanday qilayli, Suriya masalasida butun dunyodagi tashkilotlar, cho'ng tashkilotlar xabari bor. Amerika, Yevropa, Interpol deyilmez. Kim bo'lsin, xalqaro soqchilar hammasiniki jiddiy xabarlar bo'layotgan bir masala. Uning uchun bu masalada yana yuzaki bir şekilde qistirib o'tib ketsak deyman. Suriyada qarindoshlarning Sharq Turkiston masalasidagi ko'z qarashi, harakati va yoki u yerda ikki jamoat, bir jamoat bormi, ikki jamoat bormi degandek masalada sizdan bir belgilab boqayli. Suriye meselesi kelsa, baya asasen umumen de ötüp ketkendim, yana ayrı unutmaysak. Suriye meselesi mi? Atılışıda iki cemaat var, yani Türkistan dahil. Ama emeliyette olay çoğduysa, bay degen uçaş, qarindoshlikni texnik kuchaytib, bir-birisini tushunib, hozir her jihatdan yaqinlashib, ikki degan narsadan çoğduysa uzoqlashib ketdi deb qarayman. Çünkü vatanimizda aşkan bu zulüm hammalarning kuchi ba'zan sebepten ushimizni tepishqa, ba'zan sebepten çoğduysa ba'zi inson uşuq kelmese, soğuk suyunu sepse uşuq asan keldi-ku. Ba'zi vaqtda uningdan unimsa, geldiğindeki tayak tegse ya gücme tegse uşuq keldiğin insanlar var. Şunun o'xshash ba'zan o zulüm bizlarni çoğu ba'zan uşumuzni kettirib, bu işçilikki o qarindoshlarimiz mı hazır çoğduysa, onda iki boyutuluktan inşallah uzoqlashdi, yaqinlash, bir
bir-birisi bilen çok yakın hazır inşallah. Ularning maksidi tezroq vatanimizga qarata bir ishlar bo'lsa, bir yo'llar bo'lsa inshaalloh shu vatanimizga ezilayotgan qarindoshlarimizga bir haqqimizni qilib, qo'limizdagi qushlarni shularga ishiltib, shu qarindoshlarimiz zulmdan qutqazsak deydigan irodaga hep quloqliq. Shuning uchun uni tafsili deb o'tirishni çok hojati yo'q. U qarindoshlarning xato ketgan yeri bo'lishi mumkin. Biz inson baydigan o'xshash. Ba'zan sirtki qarindoshlarga har turli gaplarni aytib qolgan yerimiz bo'lishi mumkin. Hozirgi vaziyatda meningcha vatanimizda u qadar nomusimiz qo'ldan ketib qolgan, och sing'illarimizning nomusi depsenli qilinayotgan qarindoshlar, o'ylab qo'ying jinim qarindoshlar. Bir singlimizni turmuga echirib qo'yib, Sanji Kusar bilan barliq kiyimlarini soldirib yetib, o'ylab qo'ying jinim qarindoshlar. Barliq kiyimlerini saldırıp etip Sanji Kusar bilan sulab qo'yganligi. O sınırımız adet görüp kıysa şunun için ne latan ne kağızma uç kaşkar demin. Eşirpemey bedelleri çoğu. Aşında halette ne tükürlep küllerini ötküzgenliki. Ey aziz qarindoshlar, bizning bu g'ururlarimiz, bizning imanımız davaqlagan imanımız neye gitti? O'ylab bakaylı şu narsani anlab turibmi biz normal hayatımızda devam etib, normal burunqidek şu her türlü fikirlerinin kendinden kessek, bizning ne imanımız, ne g'ururimiz, ne erkeklerimiz neye gitti deysiz qarindoshlar? O'ylab bakaylı qarindoshlar. Şu sınırlarımızı aşında sulab qo'yib, erkeklerinin içine yanıma sulab qo'yib, kafirlar peygamber növbetinden onunla tecavüz qilib, ne sınırlarımız hamile qilib, şu balını alı yetemden elevetsem bulamda, tuğam deme, ya balından birge üzemini öldürüverişim, kirek modep çetkeller fativanı soravatkan, şu bizden sınırlarımız emes mi? Akillerimiz emes mi aziz qarindoshlar? Biz muşundak beytte, ha mücahitimiz bulaylı. Allah şu mücahitlik belgen şeraitini, şu kuluğu belgen şu şeraitin kim bolsun, kat'i nazar kıyamet günü çoğu sorak sokalığı tartıdır. Kalan Suriye bolsun, Afganistan bolsun, o yerli halkı var, başka mücahitler var, ulan tutkuzuşka, ulan yardım kılışka tirişivatkan. Ama Türkistan halkına Allah'tan başka, şu Allah'ın ki çoğu yardımcıları, ya şu Türkistan halkından başka kim var bunu oylap bakın qarindoshlar. Şularning halini o'ylaydigan, shular tutqizadigan, tamam, boshqalar bizga istidoshlik qilyotidi. Istidoshlik qo'ldan kelish tirishyotidi. Ammo ko'rgan, ojsiz, sınır zulm uchirgan insondan bek biladiganlar, uning istidoshlik qiladiganlar bormi aziz qarindoshlar? Shuning uchun shu ichidagi mujohid qarindoshlarimizni bularni esida turib, az sınırlarimizning nomusidan, shu depsendi qilinayotgan nomusidan, ko'ydirlayotgan, qo'llanayotgan, depsendi qilayotgan Qur'onimizdan, akidisdan ayrılışta zorlayotgan anamiz, dadalarimizdan qiyomat kuni bo'lganda birinchi qurolli kuchga bo'lgan, shu sharoitga bo'lgan o qarindoshlarimiz uchun Allah nima uchun sen rolangni joriy qildingmi? Bu men bu ne'matni nima uchun bu joyiga ishlatmading deb ulardan so'raydi va beklarımızdan so'raydi qarindoshlar. Shuning o qarindoshlarımizga men tavsiyam texmi cho'l tez harakatga kelishini va Allah'tan bir sharoit tilab tirishishini texmi umid qilaman. Suriye meselesinde qarindoshlarimizningki Ali Türkistan'a zaten kallı qatırıqlıq bunu men inşallah qo'lam üzerinden bilgen qadri bilaman. Şuna hazır o qarindoshlarımızning hali, o qarindoshlarimizni dünya sıkıp hazır nurg'un qiyinchiliklarga duch keliklik. Shuning uchun men bu ekranga chiqishda ile masalani o'tirib qo'yman. Qachonki biz bir bo'lsak, aç sınırlarımızı o'ylaylik. Bir acillerimiz, sınırlarımız şunda depsenli kılınmazsa biz nomus kılmay. Aşağıda o sınırlarımız aşında horlukta ıngırayan mağası biz birimizden aksın gep kılıp yürsek, birbirimizden tıllayalısak, birbirimize hakaret kılalısak, men manda kılıvettim diye neymiş kıldık aziz qarindoshlar? Hiç kim vatanga qarta bir ishni qilib, hozir o zulm uchrayotgan qarindoshlarımizga bir ta'sir yetkazadigan kimisi joy yo'q hozir, qaysi jamoat bo'lsin. Barmen desa o'tirib chiqsin. Bu ikramli davetimiz buni. Ama qo'ldan kelganda qilib Allah razı olsun. Hech kimni hech qilmadi deb ayblag'anlik emas. Uning Allah ecri azim ato qilsin. Aslat ejrlarni bersin qilganimiz. Ama natija e'tibori bilan vatandagi qarindoshlarimizning bu zulmini yengillanishga yoki
tüvelleşke ya kişi dese nima qilishga bir ta'sir ko'rsatadigan bir jamoat jo hozircha bo'lmadi. Shuning uchun men bu ishga chiqishga majbur bo'ldim. Bu ta'sir kuchimizni yetkazishimiz uchun birlashishninki, amaliy birlashishning muhim ekanligini deyish uchun bu qarindishimiz bilan fikrlashdik. Shu jarayonda ba'zan tarixlarimizda cho'q desa bir ozginami bo'lsa yuzaki yakunlab o'tishga to'g'ri kelganligimiz uchun bu fikrlarni deyishyapmiz. Shunga Suriyadagi qarindoshning ahvoliga kelsak, hozir cho'q desa hammasi vatanga ish qilishning zarur ekanligini bilaglik va tirishib qo'ldan kelgancha tirishib qilib, ammo ularni qolganlarimizni 10% siqsak, ularni cho'q kafirlar, dushmanlar 90% cho'q siqib ularni medirlayolmaydigan, ularni cho'q desa shunda shu niyat qilgan amaliyotlarini aşıtmaslık uchun, vücut çıkıtmaslık uchun qattiq tirishib her türlü uyanlarını o'ylatadi. Cenab-ı Allah şu qarindoshlarimizni şu uyanның ishidan o'zi saqlab, salomat saqlab inşallah şu vatanimizga bir cho'q desa oldin Allohu akbar deb menib amaliyotini shu yerga ijro qilgan uchun nisb qilsin. Mening Suriya haqida deydigan fikrim shunchalik qolgan tafsilotini Allah inşallah bildiğin günü Allah hemmeyle bilip kalamız inşallah. Allah razı olsun. Abdülgani Sabit qarindishimiz Mansur hacimni pek qıstımışla deb yazıptı. Elbette men programın başlandığı vaqtida özlerge muşu meselelerde deyişimiz deb bu yerga yazıp qo'ygan. Shuning uchun qıstaş herkes bo'lmaydi. Qıstagan meselem yo'q, faqat sökeştirib o'tdik. Şunda buldum ha. Ben sizden orunsuz başka bir neslen soğumudım. Yok Allah razı olsun. Onu nima qilib ketsalar, men hali qildim deymi ya sizlarga. Sizlarni o'xshash yuraklar kuyayotgan, bag'rimiz kuyayotgan qarindosh. Sizlar ummatning manfaati uchun tirishyaptilar. Men inson, men xato ketishim mumkin. Men xato, shu vaqt shu xato ketganimizning qo'lidan amaliy tutib to'xtab berishim demay, keynida gap qilganligimiz uchun, bir-birimizga hujumni qaratganligimiz uchun zulm chekdan oshdi. Xalqimiz vatandagi xalqimiz tortyapti bu zulmni. Biz yana chet elda xizmat qilganlarimiz uchun siz u yana o'ynaganda tomning keyindan gap qiladigan, ikramning keyindan gap qiladigan bir erkakdek o'tirib chiqib, haqni haq, to'g'rini to'g'ri, xatoni xato deb qiladigan bir sharoit uchun bulanmadığımız Cenab-ı Allah onda bir iradını hemmeyle çok atak qilsin. Çünkü Peygamber aleyhisselam zalimnin aldıda onun zulmünü dert öldürülgen insan şehitlerinin seyyididir. Seyyidi şuhada der. Bu demek zalimnin aldıda onun zulmünü deyişinin qanchalik çoğun bir çoğu işkenligini, qanchalik bir jasorat istaydiganligini, qanchalik iymon istaydiganligini, qanchalik shu bir ruh istaydiganligini bilgan Peygamber aleyhissalatu vesselam shunda ruh ega bo'lib, shu zolimning oldiga chiqib, zulmini oshkorlab o'ldirilib ketganning kishining shahidlarning sayyidi ekanligini isbotlagan aziz qarindoshlar. Shunga u zulm ha düşmanimiz bo'lgan kafir tarafidan kelsin, ha do'stimiz deb atalgan ish beşirikilerden kelsin. Ya ki iş beşirikil emas, ya ha qarindoshlarımızdan arasında bir-birisiga bo'lgan zulm bo'lsin, o zulmga amaliy qo'limizdan kelishga tu qarindoshim, "Ma sen zulm qilyapsan, xato qilyapsan" deydigan bir ruhga ega bo'laylik inshaalloh. Bu ishlarimiz tuzilib ketadi deb qarayman inshaalloh. İnşallah Allah razı olsun. Suriye meselesinden ahirki sualını sorayım ha. Şarkı Türkistan'ımız üçün Suriye'deki şu kurallık insanlar neymiş kıbbesi ya ki neymiş kılışını tavsiye kılınız. Kılala. Bu şekilde. Ben bu meselelerini şu birleşiş doğruluk meselesi geldiğinde de evvelen ulanın rolünü cari kıldırış için Hoş. meydanda siyasi meselelerini, hareketlerini kılavatman qarindoshlarimiz birleşip durup tek vücut bulup ular mesela bir devlet bulmak olsa hazır müstakillik deyimiz mesela vatanımızda Cenab-ı Allah nisip kılıp bizge çok kolumuzu ağır nisip kıysa o devletin askeri buluşu lazım. Şu vaxtda biz mesela bir başka boysunumuz var mesela hazır hem devlet sayılangan bir başka boysunamdı sonlandı. Boysunu. Şunda mı ya? Bunda boğandan keyin şu qarindoshlarimiz bizning hazır askerlerimiz şular bilan qachoniki biz ularning rolini joriy qildirish uchun biz chambarchas bir-birimizni bag'laganlar vaqtimizda
ular ondan çokum tekimi cari kıldıra alaydı dep qarayman. O qarindaşlarımdan bay nasihatini qildim, ipimni dedim telefimni. Yana o qarindaşlarımızdan ço dese barliq kuch bilan şu xalqimizni qutqizish yo'lida amaliy bir harakat qila oladigan bir yutuqlarni yetishtirishini umid qilaman, arzu qilaman. Har fursatda Janob Allohdan tilaymanki, shunday yo'llarni ko'p bergisi deb qarayman inshaalloh. Bu qarindoshlar deydiganim bu kadar shunchalik bo'lsin. Allah razı olsun. Xo'sh, endi kelayli eng oxirgi temamizga chet eldagi bir qancha kundan beri bo'layotgan qabılıqlar, ya'ni to'rdagi fitna fasodlar yoki gap so'z urush talashlarniki birisi. Bu Indoneziyaga Seyyidun Türk Efendimning berish masalasi, undan keyin $50,000 masalasi va yoki Sharq Turkiston ulamolar birligi, undan Malayziya, Indoneziyalardagi masala, Dunyo Uyg'ur qurultayininki u yerlarni ziyorat qilish ahvollarini, balkim Xitoy zot uzundan beri nurg'un binasini yezib, choplab, ko'paytib, taqitib degandek umumu bor, ammo shu bilmaydigan manbadan kelgan masalalarni qo'chib, buni bazo qilib, ba'zi bilmaslikdan ba'zi qarindoshlar bunda g'avg'olijiq bo'lib ketyotadi. Bu masalada chet eldagi tashkilotlar o'rtasida sizlarniki ko'pincha tashkilotlarda munosabatlarning bog'liqini bilma va o'tirda nurg'un xizmatni qilayotganliklarini bilma. Eng oxirgi temalarimiz shu chet elda bo'layotgan bu chet tashkilotlar o'rtasidagi mencha jiq surkilish ko'rmadim, ammo bu bozorda shunday gap so'zlar yomoncha qo'yib ketib va bizni qaymoqtirayotgan masalalar bor. Buning bir ochiqlab o'taylikki, qarindoshlarimizni davomli fitna fasod qilishdan va yoki quruq so'z, quruq tuhmatlarga aralashib qilishdan davomli biz cheklab turishga bir vasila bo'lib qolaylik deb bu masalani o'tirib qo'yma. Tashkilotlarimiz qaysi shaklda muomala qiladi, qanday birlashadi, qanday hamkorlashadi. Masalan, sizlar nimaning oldida degandilar, o'sha birlashish hamkorlash masalasida ma'lum plan, proje va o'zlarininki so'zlarining bog'liqini. Endi mushu masala kelayli, men so'zni sizga qaytarib qo'yay. Alloh razı olsun. Allah sizden razı olsun. Ben bu birleşiş doğruluk meseleye çeliştim bu. Cenab-ı Allah'ın bir ayeti öyle başlayayım. Hoş. Yani estağfirullah. Cenab-ı Allah Kur'an-ı Kerim'de şunu diyor. İnna Allah la yugayyiru ma bi kavmin hatta yugayyiru ma bi enfusihim. Cenab-ı Allah hiçbir kavmin halini, umumi halini özgertmeydi. Kaçani ki o kavm yüzüdeki naçar o illetini çoğu yüzü özgertip düzelmeyene kadar Cenab-ı Allah ulanın umumi halini özgertmeydi der. Allah Kur'an-ı Kerim yüzü dedi. Yani bir kavm yüzüdeki illetini özgertmeyene kadar men ulanın umumi halini özgertmeyeyim. Şimdi biz Uygur halkı Müslüman tarih, İslam'a çok kat bağlılığımız, İslam'a boğan mehr muhabbetimiz, şunun boğan kat akidemizin ki Allah bergen kuşluğu bilen o neçe bir milyar neçe Xitayning qaytada muş vaqt çıkıyor dese özümüzün barlığını, özümüzün küçüğü, nimimizni saqlab qilish sebep bo'lgan şu imani gücümüz. Şuna Allah Kur'an-ı Kerim'de bir kavmin halini umumetten bir halini özgertmeymen kaçani kavm yüzünü özgertişten kadar degenden keyin bizning umumi halimizning o'zgarishi, ya'ni Xitoy kafirlarining nejislarning qulundan qutulishimizning sababi avvalan biz şu hürlikka, şu mustaqillikka, şu nimaga loyiq bo'lib o'zgarishimiz kerak ki Cenab-ı Allah bu ne'matimizni ko'p bersin. Şunun için ben bu ayetiyle başlayayım. Evvelen biz bu örgüsün ibaret Allah'ın umumi halimizin özgertişten ibaret nimetki erişişten evvelen onun şemsi boğan her bir şahs, her bir grup yüzümüzdeki illetini çoğu özgertişimiz lazım. Cenab-ı Allah'ın Kur'an-ı Kerim'de diyen kanunu bu. Şunun için aziz qarindoshlarımdan mening umid qildigan, mening fikrim bir necha haqida. Çünkü Kur'an-ı Kerim'de, hadis-i Resulullah'da ayet, hadis intayin cık zaten alimlerimiz daimi davet kılavatı birlik duruyor.
Çünkü biz Kur'an'a, hadisga iman etgan ekanmiz, o birlikni qo'lga keltirishimiz lazım. Bunu hemmeyle davet şeklinde birleşişimiz lazım, birleşiş gerek de birleşişinin usulünü, ya menbasini, ya ki bu projesini, ya oturuğa taşlap falan yer birleşken bulunumuz diyen bir işaretli ben egenligimiz için o ağzıda anlap koyduğun tebliğçiler, qarindoshlarimiz aqli deplam koyduğun bir sözge aynıp kaldı. Şuna bayık edigen yakın meselelerinin hemmesinin kiçi dese ixtilaflarının ki yok olup qetimizga Xitay kafirlerinin necis kolları ve onun her türlü kulakları casuslarının qetimizga kirip öz ara dostluklarımızı buzmaslık için evvelen birleşişimiz lazım. Birleşişte benim özümden kiçi dese oylap çıkanlarım. Mesela hazır bir kısmen qarindoshlarimiz mustaqillik isteymiz deyapmiz. Bir kısmen qarindoshlarimiz avtonomiya isteymiz deb natijani yaxshi buni qilib kelyapmiz. Ammo mustaqillik isteganlar avtonomiya isteganlarni ayblab kelyapmiz. O qarindoshlarimiz yana bizni ayblab kelyapti. Bu hazır ben Türkiye'de yaşaş jarayonida nurg'un jamiyat derneklerden aralashib turyapmiz. Bazen men qo'limdan kelishcha hech bo'lmasa yuzaki o'tirib deyishmasam WhatsApp toplarda ayrim uchur qilib ba'zan mas'ul dernek mas'ullari bilan yuz tiram deganmagan gapni o'zidan ayrim WhatsApp adreslariga deb qoldirish orqali ba'zan de deb turyapman. Chunki bizning xalqimizningki evvelen mustaqil bo'lishni bir istaydig'ini evvelen o'zimiz mustaqil bo'lish lozim. Her bir shaxs mustaqil bir da'vogar bo'la olishi lozim. Mustaqil bir iddia, mustaqil bir fikir, mustaqil bir qarash, mustaqil bir turishga ega bo'lishimiz lozim. Unda bo'lmagan bir taqdirda kim başlasa, kim bir fikrini chiqsa, qo'yning qo'zilariga o'xshash, uning keyinida, buning keyinida 100, buning keyinida 200, buning keyinida 300 ergishib, meni tamam Allah razı olsun. Qilgan xizmatlarga Cenab-ı Allah hasilab ecir versin. Ama el xizmetimiz kuchaygandek bo'lgan bilan menimcha kundan kun o xizmatlarimiz desa evvelen Rabbimizning oldida baydigan xalq o'zining illatini o'zgartmagan qadar men ularning holini o'zgartmayman degan oyatga xilaf. Çünkü biz o'zimizni o'zgartish uchun Allah'ның chaqiriqi Peygamber Aleyhisselam'ın chaqiriqiga kelishimiz lazım ki o to'g'ri o'zgarish bo'ladi. Kur'an-ı Kerim hadisi Resulullah daim birlik chaqirdi. Ya eyyühellezine amenu ayet bize kallamda kaçıp gitti. Ve'tesimu bihablillahi cemi'a. Birdek esilinglar. Vala teferraku. Firqaga bölünüp ketmanglar dedi. Bu emir. Biz Müslüman, biz mümin. Bulabni mezlum halk. Mezlum halk bo'lgan bir alimiz Müslüman, mümin turib, nima uchun firqalarga bilinib ketimiz? Kur'an birlik chaqirdi. Mushu ayette, hacım mushu ayette turupla birazdan keyin davom qilaylik inshaalloh. Nəhayət mühim bir nuqtaga keldik çünki. Bir qarindishimiz telefon qilib ekan, uning so'zini anglab baqili, 5 minutdan beri saqlatib o'taman. Tamam. Shuna qilsak bo'lamdi? Bo'ldi. Sizmi bir suv ichib olsizlar inshaalloh, sizni yomon charchatib o'tamiz. Yo'q, estağfirullah desli bu aylıqqa. Mehmonlarimizni fikran chiqqan qarindoshlarimizni charchatib qo'ysam men shunda xijil bo'laman. Alloh ajr bersin. Yo'q, estağfirullah olmasa. Bo'ldi bu. Assalomu alaykum qarindishim, ovozingiz chiqyapti-da. Va alaykum assalom va rahmatulloh. Assalomu alaykum barliq qarindoshlar. Hammangizga Alloh vaqtingiz xayr bo'lsin. Hacım kamın Allah razı olsun. Sayın sizin Allah razı olsun. Ben başına ahire programı körüp koydum ben. Hacım kam beren bir fikirlerini koyacağım. Hem de benim degan gittim bu kadar hacım kam degan okşuk bir fikir etken. Abi ben bir yer bir nesneyi gördüm. Xitay'da ayarlarımızdan bizim Uygur Türkistan ayar emsilimizden toy kurmayı biliniz. Yok, biraz saklanma. Hazır to'yda ballar o'tlab bermaslar. Birazdan kesin telefon qilayapmiz. Bak, men ko'rdim men do'yin degan kitobni chiqsam, Aytmadim shunday.
Şu detallarda çıkıp da özü Tamam. Xitayning adı Uyg'ur hamshiralarımizdan bolalardan birodarlar. Bu o'ynab baqilay. Bu bir zillat. Bu bir zulm endi. Nima desek. Maksat bu biz bayağı türlep abayak deyişkendek Suriye'deki tılağıdın 20 yılına yakın neymiş kıtı, neymiş Türkistan uğraşılmayı bırakışmayın. Tamam bundan olsa biz Türkiye'ye turup biz bayrak kıtıp neymiş kıvatını biradırlar. Ama öyle emmimizi sorap baksak, özümüzü sorap baksak. Bu abi acımkam deyikende bu Türkistan'ın meselesi bir cemaatin meselesi biradırlar. Emmimizin meselesi bu. Emmimizin meselesi. Öyle bakar biradırlar, şahsen ben Öydüklerimden daimi 36 depsin adı türümü hazır. Fakat birleşip senin oğlun Türkiye'ye gitti diye meselelerle sorup koyuyorlar. Silahın önce ondaki mesele. Eğer kıyamet günü bizden Allah subhanahu bizim soğan sorarsa sen neyim kazandın dese biz ne cevap veririz. Buradır adı hemmimiz Türkiye'dekiler, Avrupa'dakiler, uyardakiler birbirimizi kolumuz gacap olduruyoruz zaten. Birbirimizi kollayla biradırlar biz aldı. Kim nas bloklar neyme yazanı birbirimizi kollaş. Birbirimizi kollay bekam vakit barda biradırlar hemmimiz. Ama tuncu katan bana bir neyme yapılsın olsa ciddiyip kaldım. Adırka bizim ahvalımız biradırlar vatan bir pas resim bulgan. Bir özümüzün üstüne kiçikine tüşke onu kömeyimiz. Lekin başkalarının özümüzde konu uçak yok. Yüztük olsa başkalar için tüşke olmaz. Anını körvatımız özümüzün körvatımız biradırlar. Sondan deydiğine boza birleşeyle biradırlar. Birleşeyle adım kalman diyen yapım toğra. Boza eğer dernekler birleşin birer kısa biz talep kılayla biradırlar. Biz talep kılayla. Bir talep kısa inşallah o bu kabul edeceğiz. Biradırlar inşallah bu Türkistan'daki bütün mezun kalmışlar. Unutulup kalmayla aslında hemmisi de zulüm çekişici olsun. Hemmisi de bizim bir kişilik neyim hakkımız var. Türkistan bağımamdık mı biradırlar. Onu aslında tüyekütemde o. Şu bir mesele bir Hüseyin Ustazdayım. Etmek zikret kılış için bayağı terlik konum biraz oylağa ben mesela ciddileşip unutup kaldım. Allah razı olsun. Rahmet sizge. Zikretler maksat bir çoğun siyasi meseleler bir doğru yakın maksat telefon kılan. Bak telefon ne kıfla ciddileşip ne kaldım. İnşallah bir Allah razı olsun. sizge bir avazda cevap getireyim ben. Bo'ladi, Allah razı olsun, rahmet. Rahmet sizge mana bu şundaq aniq o'zininki maydonini fikrini ikranning oxiri keyinda hasad qilmay aniq deyilsa hamma ishlar inshaalloh yaxshi bo'lib ketadi. Men so'zni yana o'zlariga kelsin. Davom qilsa agar unutib qolgan bo'lsa menda pirim bo'lmasa shu kagayadan davom qilaylik biroz. Ma qarindishimizdan telefon qilgan qarindishimizdan Allah razı olsun. Allah cesaretiga texmi cesaret, iradesiga texmi irade ato qilsin. Barliq aziz qarindoshlarimning chet elda yashayotgan barliq aziz qarindoshlarimning, musofir qarindoshlarimning, muhojir qarindoshlarimning uchuq fikrlik bo'lishini, jasoratlik bo'lishini çok umid qilaman. Aziz qarindoshlar, telefon qilaylik, deyishaylik, tortishaylik. Turkiston masalasi kichik masala emas. Ya bir cemaatning, ya bir guruhning, bir guruhning masalasi emas. Fikrimiz bo'lsa, ochiq oshkora deyishaylik va her qancha bir-birimizni dushmanlik qilib o'tgan bo'lsak, bir-birimizni xafa qilib o'tgan bo'lsak, aziz qarindoshlar, bir Xitoy nejis kafirning bolasi, bir qiz qardoshimizni, qizimizni, bir singlimizni, bir ochimizni to'y qilibdi deganda ko'rib turib, shunchalar kuni ko'rgan vaqtida yuragimiz elchishgan darek bir qarindoshimiz ishimizni eshittirib o'tmagan aziz qarindoshlar. Biz daim bizden evimizdeyiz, birbirimizden eyip izleyimiz. Daim başkalarının eyipini çıkarıp yüzümüzü çok unutmayız. Manasını tilkeyiz aziz qarindoshlar. Numus kılayla aziz qarindoshlar, insaf kılayla aziz qarindoshlar, ma uşak yetlerini çok tilkeyiz. Ben bu qarindoshimizdan jasaretiga Allah razı olsun. Emma qarindoshlarning uch fikirlik jasorat ko'rishini çok ko'rsataman.
Ben kelgen yerimden başlasam Cenab-ı Allah Kur'an-ı Kerim'de ve tesimu bihablillahi cemiyen ve la teferruku. Allah'ın ağamısını birdek beraber esilanlar bölünüp gitmeli. Pırık, bala teferruku, pırık zıkıyor bölünüp gitmeli der Cenab-ı Allah Kur'an-ı Kerim'de. Biz Müslüman, biz mümin. Hemmeler Kur'an, hadis deb dava kılımız. Allah'ın rızası deb dava kılımız. Allah rızası için terşivatımız deb dava kılımız. Ama Kur'an-ı Kerim birlik çakırsa, Kur'an-ı Kerim kerindaşlık çakırsa, Kur'an-ı Kerim bir insanın eyfini açmanlar deb buyursa, bir insanın eyfini yıkmanlar deb buyursa, daima biz der eksikçe, yani pırık birlik varımız, birbirimizin eyfini kolçulap deb eksikçe, oturgu tükavetimiz ezik kerindaşlar. Bununla tükeyli, bununla imkalaylı, hatımı bireyli. Açılarımız, sınırlarımızda oylaylı. Eğer vicdanımız, eğer imanımız, eğer gururumuz rast, aşiretinin kerindaşının tatıvatkan azabının vücudumuz ekşivatkan olsa, kalplerimiz rahatsız bulavatkan olsa, makallımızı silkiyotayım. Allah birleşinler dedi. Şunun için benim bütün kerindaşlarım tavsiyem birleşiş. Birleşişte benim göz karşıyım aziz kerindaşlar. Biz devlet müstakil bulumuz deyimiz. Devletimizde elip müstakil bir hakimiyet kurup üzümüzün özgürlüğüyle yaşayımız. Xitay kafirlerini kovlap çıkıp bu hürmetimizde, izzetimizde kovlap getirimiz davatkan bir muhacir kerindaşlar çetteldik emmeyle. Teşkilatla ve emmeyle. Kolumuzdan kelgenini kılavatımız. Ben 23 yıl bolu çıkalı. Nurgun gruplarla, nurgun teşkilatlarla, yürütüm zerdap tuşap getiririz kerindaşlar. O kerindaşlarımız o kadar zulüm çekivazsa biz yana daimi üzümüzden kılgan hizmetini aşırımız, ikincisinden kılganını çok düşürümüz, okşaş hizmetini. Onda kılmayla, hiç kasımız Türkistan'daki zulümü tesir ettireleydiğen, ya Xitay'ın zulümünü kendini çekendireleydiğen, mavakçı köstüpürelgide bir iş kılanmadık. Tamam, kolumuzdan kelgenini kıldık, onun geti yok, göz gümüş yok. Allah ecrimizni versin. Ama emni uşumuz ileyle ve birlikte, emili bir birlik çok ileyle istemişler. Kur'an-ı Kerim çakırığına okşaş. Bunun da attık şu cesaret isteyli kerindaşlar. Ben Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın cesaretlik bulaş doğruluk bir hadisin deyişiyle en yaz birleşik doğruluk nimemli deymen. Hoş. Aziz kerindaşlarım, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam bir hadiste şundaktaydı. İza tabaya'tum bil ayna ve ahaztum aznabel bakar ve razitum bizzer ve terektumul cihad sallallahu aleykum zullen la yenzi'uhu hatta terci'u ila dinikum. Aziz kerindaşlarım, biz zulümden kurtuluşka her türlü fikirlerini kılavatımız. Her türlü çıkış yollarını çok izleyevatımız aziz kerindaşlar. Biz Müslüman, biz mümin. Evvelen biz Müslüman, mümin bulaş çıktığımız ile Kur'an hadisini izleyiniz çıkış yolunu aziz kerindaşlar. Çünkü Kur'an hadisini izleyip doğrumansak Cenab-ı Allah bizge yardım kıysa, Cenab-ı Allah'ın yardımı erişip onun rızası erişse başka macazi güç bulan hakimiyetleri güç ilimlerini Cenab-ı Allah başvurudu ve Kur'an-ı Kerim'de bizim hizmetimizi serişka, bizge yardım kılışka Cenab-ı Allah gördüyse bunu kıldırışta kadir ettirmişler. Çünkü Cenab-ı Peygamber Aleyhisselatü Vesselam bu hadiste İza tebaya'tum bil iğne. Sile bir karısı cezayını okşap gidiyorlar. Arılaş aşına ticaretlerle, almak satmaklarla bulup ziraat kılganlığına kalının kuruğu esilip ziraat tımılen bulup ve terektumul cihad Allah yolundaki cihadını terk edip koysanlar sallallahu aleyküm zullen. Silahın üstündeki harlıkını Allah hükümran koydu dedi. Yani silahını harlık taşlap koydu. Ya harlık koyup koydu demez. Harlıkını silahın üstündeki kuşluk bir hükümran şekilde. Ne varsanlar o harlık silahın üstündeki hükümran şekilde yürüydüğün, işte ayrılanmaydığın bir harlık koydu. Bu harlık ne? Allah takip etmeydi. Haçan ikisiyle dini kayıtmak dedi. Din var. Cihad mesela hemen bilirse alimler iki kısmı biliyordu. Cihadın nefs, cihad emeli cihad kılıştır. Bazı hadislerin çoğu
şununla təsvirlənən İslamı ba əziz qardaşlar. Əvvələn biz bu xorluqdan qutuluşumuz üçün biz hazır əmeli meydanda ya kolumuzdan gelişe erişemegen, kolumuzdan gelgen İslam'ı kılavatman kardeşlerimiz evvelen nefsimizin üstünün cihat kılıp birlikte kulak getireyle kardeşler. Birlikte. İşte basatını tüküteyle. Minen tavsiyem barlık ketkel yaşavatkan muhacir aziz kardeşlerimden evvelen özü müstakil bulup, özü müstakil fikir geçiyor, iyi olup, koyga okşaş kim başlasa onun keyden emez. Hepinin keyden kildiğen, hepinin himaye kıldıgan, toplum himaye kıldıgan, hatanı himaye kılmaydıgan, hatanı aydalandırış birdiğen, ne o hata çirkin kelsin, kim ki imi kıyson, onunla yüz tirani dep, onu tüzdeleydiğen ruhlarını ki, ben sonra aziz kardeşlerim. Aziz kardeşlerim, hem biz müstakil bir devlet bulmakçı olsak, Allah bəsə, nesildiyse, müstakil devletini bir hakimiyet aslında yaşayımız, bir başbakan, bir minister, bir nimenin aslında, hükümranın aslında yaşayımız aziz kardeşlerim. Meyli ha onu kabul kılayla hem meyli yüzüğü, ha kabul kılmayla onun aslında yaşayan vaktinin üzüle, o hükümranın aslında, o hanın aslında yaşayanda annem bir devlet var. Eğer rast biz müstakil istemekçi olsa, biz hürriyetini istemekçi olsa, kardeşlerimizi zulümden kızmakçı olsa, Allah'ın dikeniyle öz nefsinin özgertini diye ayet esasen evvelen yüzümüzü özgerteyle. Ben 23 yıl oldu, onundan ilgili çok kardeşler zaten dava kılıvat. Ondan gelgenden kılıblar. Bütün kardeşlerimizden ecrini Allah zayi kılıp etmesin, es-selat versin. Ben hiç kimin eyüplamak demem. Ama bir ticaretçi, bir ticaretinin payını da niyet kılıp ticaret kılan olsa, yıl ahırda hisavatını gördü aziz kardeşler. Eğer o hisavatını hata etken olsa, ya sözlügen payları ilişkilenmegen olsa, usullarını ticareti elemandan tekşir etmeyip, bazıları usullarını tekiştirdi ve sözlügen payları ilişkin yani ikinci bir hedefini çok ilallah, doğru usulunu kolladık bana da aziz kardeşler. Biz men çıkılış 23 yıl boğan olsa, 23 yıl ya bütün kardeşlik koldan kâge hareketini kılıvatıdı. Ama zulüm, vatandik o zulüm çektin taştı. Günden günde eşit etti. Evlilik teprikçilik mu netçe geçiyor, bölünüp gitti aziz kardeşler. Şunun için bir yüzümüzden, bütün teşkilat ilgililerden, teşkilat mensuplarından, rehberlerden, barlık hizmet kılıvatını kardeşlerden bir kor yüzümüzden hisabatını elip, hatalık yerlerimizi sürdük hem de doğruluğu maksat. Benim teklifim barlık, benim fikrim, projem, barlık dünyadaki muhacir kardeşler birleşik durup, evvelen biz bir merkezi aparat olsak, bir merkezi aparat, barlık teşkilatlarını ya başvurduğun, ya ki bir devletin aparatını çet elde evvelen kuralışımız lazım. Biz müstakil devlet bulaşık. Evvelen Cenab-ı Allah'ta yüzümüzden birleşip yaşayalaydık Allah'ımızı. Yüzümüzden nefsiden ümmetinin menfaatini, halkının menfaatini evvelen aldığı kuyalaydık Allah'ımızı ispatlayışken hasetlerimizni, fitneholiklerimizni, kibirimizni, çoğunçallığımızı bütün taşıyıp bir merkezi aparat, barlık dünyadaki Uygurların başkırdığı bir baş astığa. Eğer bir insanın, tek bir insan bizge baş oğudaki iktidarlık insan çıkmaydı ya yok hazır diyen takdirde daim hemen dua kılavatımız bizge bir başlıktır peri Rabbimdir. Biz emeliyette şu başını çıkarış yüzümüzü hareket kılışımız lazım. Bir insandan terkip tapkan bir baş tapamıza 10 insandan terkip tapkan bir baş hasıl kılaydı. Hasıl kılış arkalı biz 6 eden birleşip 10 eden birleşip ya 20 eden birleşip bir teşkilatını kurup bunun başseyler bütün halkaradaki hem Uygurlarının başlayan men bulgaldım deydiğen mağuço öyle yüzümüzün bilgen çimeni yüzümüzü kuşlandırıp kağanını düşürüp bunda ayıplaydıgan bu teprikçiliğin bütün tüyütüşünün usulü benim fikrim benim bir aparat devlet aparatıdan chet elde devlet okşayan bir birlik aparatı yani bir başının astığı yığıldığan bir kişinin hesap. Evvela biz onu, bizim insan bir devlet müstakilimiz, bulumuz, devletimiz chet ellerine çıktık. Bütün yaşavatkan devletin sistemlerini, saylamlarını ve nesillerini küravutimiz. Bizim erkin fikrimiz bilen bütün devletlerden hakiki birleşini irade kılgan erkekler. Minin şunun için
anlatış üçün çıxdım ekranga. Haqiqiy yurga aytishayotgan, haqiqiy bir xizmat qilsam shu vatanim, shu xalqim uchun jenimni va hech narsamni ayamasdan fidokorona xizmat qilsam deydigan erkaklar bo'lsa, to'plashib shu tashkilotlarimizga berish orqali, tavsiya qilish orqali, talab qilish orqali kerak desa, boshlar bilan birga yetib, birga qo'yib bo'lsin orqali birlashtirib bir markaziy apparat, mayli u kim bo'lsin, bütün namazatlarını çok bir koyaş arkalık bir merkezi aparat olsa. O vaktin özüde devlet aparatımızı çek elde çok kurup bir başka boysunup bir meslehat grupsunun o başlığını çok meslehat bilen başlaydıgan 20-30 olamdı, 40-50 olamdı kaçı ihtiyacı olsa meslehat grupsunun birini kurup o başını şu meslehat grupsunun meslehat bilen başını çok icra kılıp mağdığan şekilde bir baş aparat olsak deydigan mening arzuyum, mening fikrim bor. Biz bunu inson bizmi chet ellarda yashayotganda qila olamiz, qilolmaydigan masala emas. Qolgan mustaqil davlatlar bari qila oladi ekan bu. Bizni chet elda shuni qila olsak, Robbimizmi bizning bir mustaqil davlatga loyiq inson ekanligimizni Robbimizga çok isbotlasak va xalqarodagi kuch egalari bo'lgan majoziy kuchlarga, hokimiyatlarga çok bizning bir davlatni boshqara oladiganligimiz, bir devletni idare edildiğimiz, bizden birleşebildiğimiz ve kırındaş bulalaydiğimiz bir devletni kolumuzga kelse onu idare edip gidebildiğimizi çok bildirsek çokum Cenab-ı Allah her türlü oylamağa yardımdan çıkışı mümkün. Ne başka çok kişi ilgiler boğan hakimiyetlerine çok bununla yardım kılışı mümkün. Benim planım bu. Eğer her devletin vekil 5'ten 10'dan 20'den bulan vekil olsa bir top kurup onu öz yüzüge çok bir yerge kelsak, meslehatlashib bütün teşkilat başlıklarına öz yüzüge ketiş arkalı, bütün halkımızdan imza toplaş arkalı bulandı. Halkımızda bir dünyaya çıkkandan keyin bir insan qo'shilib yaşap, özümüz bir başını saylab, şu başını saylangandan keyin bir devlet deganning hozir o dernek, bu dernek, o cemiyet, bu cemiyet deymiz. Şular bizi taşkı işlarga, bizi içki işlarga, bizi ma'arifga, bizi siyasiga, bizi ijtimoiyga mas'ullar bir devletning aparatini kurup mangsak, bir maslahatdan chiqsa bu ixtilof Xitoyning nijis kafirlarning jasuslarga yo'l bermagan bo'lamiz. U vaqtida cho desa, bir buyruq bilan dunyodagi hamma qarindoshlar bir soatda, bir vaqtda ko'chiq to'kiladigan bo'lsa to'kilalaydigan. Bir buyruq bilan cho ko'chada yaslaq yatalaydigan, nima ish qilsa bir qilalaydigan bir buyruq ostida. Bu şekilde cho biz bir birlikni hosil qilsak deydigan mening cho arzuyum bor. U vaqtning o'zida jiq mushkullarimiz hal bo'lib ketdi. Bay degan askarlarimizning masalasini cho hal bo'lib ketdi. Nurg'un qiyinchilik tortayotgan qarindoshlarimizning masalasini cho hal bo'lib ketdi. Chunki xalqimizda ishonch ketdi. Ana ishonmaydi, mana ishonmaydi. Unda ishonmagandan keyin yordam qilmaydi. Mening bir ishni qilsam, ana qishiq berib turib ishni chiqirdi. Mening işimiz kelmaydi. O qarindishimiz chiqsa, mening qishimga kelib, uning ishni qiladi, o ishga chiqmaydi. Ashunday qilib, Xitoy kafirlarga bu nijis dushmanlarga güch deb baratimiz. Ularning kuchi bizni ojizlashtirishga yo'lni o'zimiz hozirlayapmiz. Agar tashkilot rahbarlarimiz rost shu xizmatda samimiy bo'lgan, samimiy deb qarayman, ammo rost samimiy bo'lgan, vatanni ozod qilish uchun illoki bir tashkilot boshlig'i bo'lish shart emas. Vatanni ozod qilish uchun illoki bir huquq tutish shart emas. Qo'lidan kelgan xizmatni qilib, kerak desa vatan ozod bo'ldigan ish bo'lsa, xolatazlik bo'lsin, mana bo'ladi. Agar qarindoshlarimning xizmatchisi bo'lsa bo'ladi deydigan, men mutakabbirlikni, hasadni, cho'ngchilikni butun tashlab turib, tallamizni silib yetib, bir bosh ostiga yig'ilsak, bir markaziy apparatga yig'ilsak, kafirlarning uchun jasuslarga yo'l bermasak ve müşuna birlikten birini hasıl kılıp askerlerimizin vaqtida şura bilan aloqani maxsus o'rnatadigan gruplarni qilsak, u vaqtning o'zida bizning xizmatimiz rivoj topadi, xalqaro e'tiborga ilinadi deb qarayman. Oddiysi, hozir masalan Filipin, Malayziya va Indoneziya masalasi keldi. Tamam, Seyit abimin yildan beri siyosiy xizmatini olib berayotgan bir rahbarimiz, qarindishimiz qo'ldan kelishga tirishib, tirmishib, shu zulm qarindoshlarimizni qo'zish uchun
bilen minvatkan bir rehberimiz. O kardeşimiz mesela Indonezya'ya geldi. Onun için Mağarib Derneği'ndeki kardeşlerimizin varlık vücudu bilen halkının menfaati minvatkan, şu zulümden halkımızı için kırışıvatkan, şu dert ehvalını anlatıvatkan kardeşlerimiz. Ülmalar birlikteliklerimiz çok okşaş. Efsus ki ben bir şahsı bula süttüm bilen içindim. O kardeşlerimiz Malaysiya'ya bağlandaki Malaysiya'dan ziyaretini çırayla sürdük. Ne mi söylen kaysa. Seyit abi Indonezya'ya bağlandaki yani şu Türkistan'ın ahvalını anlatmandan keyin o petişo kese. Ya ki burun mesleğetleşip, haberleşip, telefilleşip durup bir grupa ya ki birlikte hemkarlaşıp şöyle basak başka bir millet, başka bir Müslümanlarımızdan aldı da yüzümüzden kançilek birikkenlikini onun uxtuğa vaxtımızda bizge bolgan itibari, bizge bolgan köngül bölüşü, bizge bolgan qarindaşlığı, bizge bolgan hissizdaşlığı tekimi başta dep qaradım. O bunda bulmay her meylen yani bizimiz desigenin o kişini yani destek kilovatımız onu Allah rızası için kıldı dep qaraymiz. Allah razı olsun. Ama bu hizmet anda bolgan bir takdirde anda bolgan takdirde hizmet bek bolgandek turgan bilen neticesi olup gelmeydi. İtibarsızlıkka ayınıp kalıdı. Bir hakimiyet aslında bir eğizden söz bağmay, 10 eğizden okşaşmagan sözler varsa o neresi itibarsızlık ayınıp kalıdı. Ben Türkiye'de yaşattım bilen bazı bir teşkilatların epleştirmiş teşkilat rehberlerinin arasındaki tükengisizliklerini birbirisini tükendirip dost kılış, qarindaş kılış için bazı sorunlarda o tarafına yerim oldu. Şu cereyanlarda bazen fikirler çok çıkan oldu. Hükümet dairelerden başlıklarımızga, rehberlerimizge yürüyen fikir. Aziz qarindaşlar, biz yaşavatkan barlık hükümetlerde hemmisi bizni kollaydı dep oğul bulmaydı. Onun kadar ne insanlığımı var aziz qarindaşlar. Menfaat çok, tereserek ya menfaat birilgen. Bazen bazı kuşluk devletlerinin oyununu oynayıp durduğunu. Ular bizi semimi de qaraydığımız biz şimdi. Ama bizning aşında ayrım işgalligimizden faydalanıp durup birisinin hakkını gep qilib, yana bizga onun hakkını bazen bo'lmagan gaplarni qo'yash orqali ziddiyatlarni terg'illigini men o'z nimam bilan eshitdim buni o'zimcha mushtaq gapgan deb taxmin etdim qarindoshlar. Shu gaplar tufayli rahbarlarimiz bildirsinki bazen tartib qilish yurgulik. Şuna bu narsalarning barligini tutish uchun avvalo bir aparatga, bir merkezi aparatga gelip boşa bir devletinin şeklini çek elde hakikaten bir devletinin şeklini kolu getirip şu şekilde bir aparatı boysunduğun bir aparatının, bir şuranın, bir nimenin kararı ile hareket kıldığın bolsak o vaxtın özde bizim itibarımızın aşıdı ve bir devletke layık kendimizi çok kalan insanların sürdü ki o vaxt gördüse Cenab-ı Allah bizge müstakillikten ibaret bu nimetini çok verişi mümkün. Eğer dünyanın her qaysi yerlerinde yürük açta duyavatkan, çıkan birlik teşna bolgan qarindaşlar bolsa, men telefon numarımni çok açık ekranda koyup koyman. Şu qarindaşlar bilen hemmesi bilen kerekli berip öz yüzüne görüşüp fikirleş orqali qanday hesap qilib qarindaşlarımızı çok bir aparatga jug'lashga tirishsak deydigan fikrim bor. Bu fikrim mushunchalik şun qağanlar başka sual bolsa, düşünülmegen yer olsa, men unutup qağan yerlerim bolsa, o vaxt desem Allah'ın ondan razı olsun. Allah razı olsun, rahmet. Programımızmı ahırıga kelyapti. Sizlarni köp charchatdik inşallah. Allah sizlagandek bir hammalarni bir niyat, bir maqsadda Allohning ag'amchisiga وَاَعْتَسِمُوا بِحَبْلِ اللّٰهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا ayetiga inşallah birlikte isilishga, bunun amal qilishga nasib qilsin inşallah. Bazı qarindoshlar so'z qilsam debdi, agar telefon qilishga sharoit yo'q ekan, so'z qilsanglar bo'ldi, so'z qilib nima qilsanglar men bu yerda anglatsam bo'ladi inşallah qarindoshlar. Xo'sh, chunki bizning ikronimiz davomli do'stlar bilan birlikda bu suhbatni elib berishni maqsad qilgan. Hammalar bu yerda ochiq fikrimizni bersak bo'ladi. Qanday bir so'zinglar bo'lsa, nima qilsanglar bo'ladi.
Ali Ekber Damollacım hem bizninki bu sohbetimizge katılıp diken. İnşallah ben birazdan keyin fikrini elishni xohlayman. Bundan başqa bizning sohbetimizde yaqindan beri o'zininki xitobi bilan tanilgan singlimiz Subinur Baturmu izlayapti. Balkim birazdan keyin o'zininki fikrini qaytib qilishi mumkin. Undan keyin men sohbatimizni oyoqlashtirsak deb o'ylayman. Undan boshqa qarindoshlar naq maydonga telefon qilib, agar boshqa savolinglar bo'lsa, naq maydondan hozir so'rasanglar bo'ladi. Nimaninki ekrandan keyinda so'z qilmoq biroz tez. Ya'ni ekranning oldida, ekrandan keyinda yozmoq, gap qilmoq, urushmoq, talashmoq intayin oson. Mana naq maydon Türkçe er meydanı deb qo'ydi. Erler, erkekler uçuk bir şekilde fitne pasat qilmasdan, keynimizden gıybet şikayet qilmasdan mana mishadi. Fikirlerimizni uçuqlasak inşallah. Bo'ladi aziz qarindoshlar, bir qancha qarindoshlarimiz telefon qilgan o'xshash. Men biraz saqlab baqay bir qancha minut. Yani sizninki bu birlashish, hamkorlashish masalasida umumen Şərq Türkistan muhacirlərə söz qıyğanlıqlarını bir başdan mən bu texniklik məsələlər biləşkəç anladım. Təşkilatlara nisbətən biraz somut etildiğin qədəmlər barmı? Yəni bu toğrisi biraz qıstırıb ötəb ketəm. Abayımı biraz degan bo'ldi, amma təşkilatlar məsələsində texim somut bir məsələ o'tirib qo'yilsa, inşallah bundan keyin təşkilatlarımız texim yaxshi ma'noda deb o'ylayman. Allah razı olsun. Ben teşkilatlar hakkında diyen gibim, bu teşkilatı bölünüp gitişini çok dese bir hatırı verip, bir merkezi aparatka bütün teşkilatlarımız üzerine olduğunu yani cari kıldırdıgan, mesela bir devletin taşkı işleri oludu, içki işler ministerliği oludu. Her bir teşkilat yani şu layık yerde hizmetini elip, bir şuranın kararı mesela bir devletin kurulğanı meclis deyimiz koyun, meclisin kararı öğrendirdiğinde. Şuna okşay biz onda kullanmagan bir takdirimizde mi? Bir şura sistemi kuruş arkalı şu şuranınki bir merkezi aparat, bir yani baş aslı toplumun kalan qarindaşlarının üzünün layıklı çok o hizmetini vermegen bir takdirde, muşunda birleştirmegen takdirde bir tebrik çok tüymeyden olmasını ben güzel bilen görüp emniyetini önce şahit ettim. Çünkü mesela adli selip etki vakitte bayağı kardeşimiz dedi Türkiye'de ve her yerde namayiş kılıvatımız, başkalarını eyiplayımız. Şu namayiş kılıvattan kardeşlerimiz mi bir ben maaşına kılıvettim diye yoğun bir çoğu vatan gitarset gösterdik demiş. Hem meylen kolumuzdan kilovatımız, hiç kasımız da vatan gitarset gösterdiğimiz yok. Allah ecrimizin versin. Bütün teşkilatının mı halis niyetige Allah esirler tecrübe versin. Ama ister istemez kırkçılık, bölünmecilik, mençilik, bizçilik diyen bu narsa ortada kündek ruşen hemmeden bildiğin çok bir narsa bu kaldı. Aziz kardeşler. Şunun için bu aşında bizçilik, mençilik diyen bu ılgı pırk bölünüp gidip üzünün bu umumi Türkistan davasını şahsi davaya aylandırıveriş ya ki bir cemaatinin ya ki bir dernekinin bir cemiyetinin hususi davası da hareket kılıştan ibaret bu narsani çok tutuşumuz lazım. Mesela namayiş hemmeyle doğru tapıdığan bir iş eldeki kılıvatkan Türkiye'de mi Avrupa'da mı? Ama bir teşkilat bir namayiş uğurlaştırsa ikinci bir teşkilat nihayet hem de çoğun bir devletinin adamlar katlaşıp kaldığan bir teşkilat boğan bolsa hem de yana onun bir heyet ya bir vekil evet iş arkalı katlaşkan bolsa mı? Köpünce vakitlarda çoğu ise bir teşkilatlar başlığı şu ikinci bir teşkilatının ya ki bir grubunun uğurlaştırılan nemesi demezden aynı üzü okşaş kılıngan bir davaga katılmagan. Men özüm şahsen telefonum arkalı bazı teşkilatının kılgan işlerine, bazı teşkilatlarının katılışına o kadar yalvardım. Telefon arkalı. Jığılgan derecede çoğu yalvardım. Unda kılmaydı. Birleşip gideyle
muş işini birlikte yeteyledi. Kıysak mı? Şundan kıysak mı çoğu dese, o'xshash bir ilqa namoyishga qaytilg'ili hatto unimigan bu narsaga men shohid. Uni paloni deb yurishning hojati yo'q. Shuning uchun kimdi bo'lgan bo'lsa u narsa shunga bir tegidi. Shuning uchun men İstanbul'da mesela ülemalar birlikimiz kuruldu. Allah ulardan razı olsun. Neçe kayak bulmagan bir iş. Yeni kurulgan boğallık için nurgun eksiklikler, nurgun kemiklikler yani konuş mümkün. Şu karındaşlarımın benim tavsiyem ülema diyen bu birlik çoğun bir birlik. Küçük bir narsa emas. İntayın ümmetinin takdirini belgileydiğin, ümmet ki mesul bulduğun, millet ki mesul olduğun, ulağıca müşkilatlarda çıkış yol tepirdiğin bir grupa o, ulema diyen alimlerin grupusu diyen gel bölürdüğün. Ona boğan için o grupunun küçüğü terebbaz bulmaslıklarını. Arzu kılın. Terebbaz bulmaslıklarını. Adil buluşunu. Çünkü dinin en asası adil buluş. Adaletlen buluş. Kaçani ki ulemalar birlik kurulsun ya ulemalar grup sizlerinin olsun kurulup o bir teşkilatının ya ki bir grupunun ya ki üzü doğru tapan bir grupunun ki uleması bulup kalan takdirde o ümmetin uleması bulanmaydı. O ümmetin takdirini belgilep kırdıgan alimler grupusu bulanmaydı. Ben İstanbul'da yaşadım ben. Anda fikir oluşuyor. Şunun için bazı neslerini delil ispat emeliyetiyle köygen boğallıkın üçün manasını o karındaşlığı çoğu kılıvatkan bir tavsiyem şekilde çoğu bunu davet etmem. Şunun için aziz karındaşlar bu nesini tüketişimiz lazım. Tüketişinin birinci usulü baykadak bir aparatının astığı çoğu geliş. Kemmegen bir takdirde bir mesela Türkiye'deki bir devlette her teşkilat başlığı verip güreşke vaktinin özüde biz insan hem meylen teşkilatla üzünü kütüreşke, üzünün işini çok üstünge çıkarışka, üzünün kılgan hizmetlerini en âli dereceye çıkarışıdığını gepti. Tırışkan lekin ikinci birisininkini bir gep arasını bulamdı. İşkili bir şekilde onu hudurleştirişke, onu itibarsızlaştırışke çok tırışırken. O vaxtıda o devlet rehberleri bolsun, bizden yüzümüzde bizge gep bulmagan bilen, bizden akımızdan çoğu dese, ecel bir insanlıyken, halkımız zulümde deydi o, ağaç sınırlarımız depsenini kılmadı deydi o, ama biz gelip bizsini çoğu takadı, birisi bilen birleşemeydi o, birisi bilen kilişemeydi o da, o nesini çoğu dese, itibarsızlık aylandırıp durdu başka. Şunun için ben yakında Japonya devletiyle güreşken bir kardeşimizin fikrini deyiş önemli kolay. Japonya devletinin bir rehber şunda dedi. Biz bu Türkistanlı halkını suyumuz, ular yardım kılışını isteyimiz. Ama bunların kaysi teşkilatını kollap, kaysi bir rehberini kollap, kaysi birisine yardım kılışını çoğu beşimiz ketip gitti. Mesela dünya sürgün hükümeti gelip bir nesini deydi, bir projeni koydu. Yana birisi gelip bir mili deydi, yana bir teşkilat dünya Uygur kurultayı gelip bir nesini deydi. Şunun için her birisinin fikir nesilleri bir-birisi okşumaydı. Kaysını kollap, kaysını çok kollamaslıkını biz ukanmayıp bir devlet bulasıklığımız bilen beşimiz ketip gitti dedi. Muşunda kalıp yüzümüz sebep olsak, yardım kılay diyeninin onu çoğu yardımın açtık. İçki ihtilafla arkalık başında kıyıgılı başlasak, bize kim yardım kılıyoruz? Buna teşkilat rehberlerinin bu ılgı şahsiyetçilikni, bu menmençilikni biz kibir kılgıdak, yoğunçılık kılgıdak al emesiz. Bizim acillerimiz, bizim sınırlarımız ayet tekserinde kılıyor. Kupar kılınmadıdır. Namuslu tecavüz kılınmadıdır. Biz öz abroy peşinde, biz hürmet peşinde ya azgın ilişkin halkımızdan aldığı ki yüzümüzü kuşlandırış ya teşkilatımızdan küçüğü nimesini kuşlandırış peşinde kalavatımız. Bu nesigi hatim bireydi. Halkımızga çoğu menfaatlik, halkımızga hazır mening deydiğinin hakkı kim? Ata-analık rolünü oynayalaydigan, ata-anadek mehribon bo'lgan, şundaq bir çoğu merkezi aparatga bir teşkilat halkımızın ihtiyacı var. Çünkü halkımızdan hemmisinin yürkan kalbleri çoğu bu musafirçilikten her türlü azaplardan ıngıravatkan bir mezgilde bir-birisi eyiplaydigan emas, yamanның қолдан tutup to'g'ri başlaydigan, yaxshini texmi çoğu kuşlandırdigan. Men bir turmuq tutulup qalgan bir qarindoshlarimizningki yardım qilish uchun İzmirning Aydın degan bir elchisiga borgan vaqtimda Mehilfi teşkilatını çirip
bir gaplashib qoldim. Qolgan vaqtida bir mehipilik odamning gapi kallamdan chiqmaydi. Sizlar deydi, yaxshining qo'lidan tutadi ekansizlar deydi. Yaxshining qo'lidan hammangni jon ching tutadi ekansizlar. Sizlar hammangni yaxshining qo'lidan tutsanglar, yomonning qo'lidan kim tutadi? Bu din yomonni yaxshi qilish emasmi? Sizlar hammangni din da'vosi qilasizlar, ammo yomonni unda, manda deb qo'lingdan keyin o'lib ishtirib ekansizlar. Ammo shuni bilinglarki, sizlar Uyg'ur bo'lishinglar bilan bir kiyimida mayli yaxshi bo'linglar, yomon bo'linglar. Agar bir kiyimiga chiqqan insonlar ostidagi inson yomon insonlar bo'lgan bo'lsa, ular kiyimini tashkil qilsa, yaxshi insonlar nima qarimiz deb uning qo'lini tutib olmagan bir taqdirda, o kiyimi o'xshash, yaxshimi, yomonmi birlikda g'arq bo'ladi. Shuning o'xshashlar masala, shuning uchun sizlar menchilik, bizchilikni tashlab, mavju yomonni o'tib bitirib ketishni tashlab, yomonning qo'lidan tutib, dadillik qilib, otiliq qilib, uni yaxshilash uchun tirishadigan bir-biringizning qimmatini yetinglar dedi. Allah razı olsun. Aşta bo'lsak deb qarayman. İnşallah aşta bo'lgan taqdirda tuzilib ketamiz va bu birlikni hosil qila olamiz. Xalqimizning bunga destek chiqishini, tarafdan kuch chiqarishini va xalqimiz kuch chiqamiz bo'lmaydi. Chunki xalq har qanday yerda asosiy kuch xalq. Masalan, Turkiya hukumatimi ayni Derbula vaqtida xalq bir kechada yotqanlardan fırlab qo'yib, necha adam tanklarni fırlab şehit bo'ldi, davlatni asrab qoldi. Biz aşındak vatan sevgisi, aşındak iradeli təyir vaxtımızda andın birleşini çok kılalayınız ve qağın qarindaşlarımızın çıraylı anlatış arqalı bu işini çok birlik getirsin. Allah razı olsun. İnşallah kılayınız. Rahmet. İnşallah birazdan keyin ahirki sözlerini alayım. Bizning bir iki qarindishimiz telefon kutyapti. İnşallah vaqtimiz bir yerga bordi. Bu qarindoshlarimizningki ovozini fikrini anglagandan keyin yana sizlarga oxirgi so'zlarni beraman inshaalloh. Bizningki Subinur Batur qarindishimiz ninki telefonini oldik hozir. Bu qarindishimizning bir qancha taklif fikri so'zi bor ekan. So'zni anglab bo'lgandan keyin so'zlarga qaytib keldi. Assalomu alaykum, singlim. Assalomu alaykum. Alaykum assalom. Oldi bilan ikki kanal. Va alaykum assalom. Oldi bilan ikki kanaldagi men Surajim qaga shundaqla hamilanga Allohning rahmat salomini yo'llayman. Suhbat jarayonida sizlarni boshdan oxir yaxshi anglayolmadim, chunki to'rim yaxshi emas degan o'xshash. Bu talablar bilan telefonga chiqib qoldim. Alloh xatosizlikdan saqlab qolsin. Sizlarniki oxirdagi fikrlar amin. Canımız razı olsun. Oxirdagi fikrlar bugungi suhbatning temasi haqiqatan intikra, hammamizga nisbatan muhim bo'lgan alohida bir suhbat bo'lib o'rlashtirilibdi. Garchi bu suhbatda bu yerda o'zimning fikrini qo'shish yoki o'zimning o'ylaganlarimni qo'shishga bir salohiyatim loyiq qilib qo'yibsam, ammo kuchli talab bilan shunday telefonni elib qoldim. Cho'nglarimiz bor aramizda, shunday suhbatda naq maydonda hozir bo'layotgan ustozlarimiz bor. Ularning ayıbı buyurmaslıqını, xatalıqlarım oldida, yani her vaqt kengin qo'ysaqliq bilan ta'limotlarni ayırmaslıqını ümit qilaman. Xo'sh, asosiy maqsad kelsak, bugungi kunda vatandagi zulmlarni, vatandagi ahvolatlarni deb o'tirishdan hech qanday bir hojat yo'q. Chunki ko'pinchimizning qalblari vatandagi zulmlar bilan ingrayotgan bo'lsa, ya'ni ko'pinchilarimizning qalblari vatandagi zulmlarni to'la anglayverib, bezirib ketyapti. Bu haqiqatan odamning qalbini azoblaydigan bir ahvolatlar. Nurg'ullarimiz shu ingrayotgan qalblarimiz bilan olg'a ilgirlash, olg'a intilish, nima qilsam men zot bir ish qilib beralayman degan tuyg'uda, shu xil azobda, shu xil vijdoniy so'roqlarimizning jahdidan qadam elayotgan bo'lsak, intilayotgan bo'lsak, qo'limizdan nima ish kasb qilayotgan bo'lsak, yana ba'zilarimiz men vatandagi zulmni men qildimmi degan o'xshash o'ziningki vijdonini azroq rohatlatadigan ba'zi bir, ya'ni qamlashmagan bir bahona sabablar bilan o'ziga aromchilik deb o'tadi, o'ziga tasallilarni beryapti. Bu haqiqatan odamni afsuslantiradigan bir ish. Ya'ni shundaqla hozir bo'layotgan mayli cho'ng bo'lsin, kichik bo'lsin, xizmatlar bilan mag'rurlanish yoki tariximizdagi ajdodlarimizning qilgan xizmatlari bilan mag'rurlanish bizni haqiqatan, shaxsan meni haqiqatan cho'chitadi. Masalan, nurg'unlarimiz Abduqodir Yapjon akamizdek Xitoyga bigiz barmoqini chiqib turib, "Ey Xitoy, sen Xitoyni
adam degenim o adam emas degidek derecede muşunda söz degen kişiler takı bugün Abdülkadir Ustoz aramızdan ayrılgan vaqtdan keyin daha çıpaqın yok. Ama bugün biz şuna çıqanmagan kişiler Abdülkadir Yatcan akamızın tünügün degan gaplar bilan mag'rurlanayotimiz. Bu qat'iy bizga yarashmaydigan ish. Bugün bizning hadilarimiz, aytsanlarimiz her bir qiz bola her kuni Xitoyning bosqinchilik ostiga uchrayotgan vaqtning o'zida bugün tarixdagi kishilarning geçmişimizden bağlı. Bugünkü reallıktan özümüzü etkiçip, bugünkü reallıktan bir vicdanımızda teselli tapımız geçmişimiz arkalıkta durup reallıkta gözümüzü kör kılışımızın özü. Bu nahayeti vicdansızlık, bu nahayeti adamın ki yürgeni yetiştirdiğin, adamın nefretini kozgaylanan bir iş. Uygunup atkallar köp buluşu mümkün ama uygunup durup bu uygun işini vicdanının ki azaplanıp, kattık elemlenip ketkenlik için bunun vicdanına teselli verdiğin her türlü bahanelerini izlevatkan kişilerimiz etrafımızın kullanma köp. Ben şu yerde bu yerde kısıkça şunu eskertip ötmekteyim. Bizning bugün geçmişimizden, ötmişimizden mağrurlandıgan yoki o'tmishimizdagi o'tgan kishilarimizdan mağrurlandıgan o kadar ko'p vaqtimiz yok. Biz bugün tavakkilarimiz aytdiki kelgusimizga bilgan, aytdiki avlodlarga beradigan tarixni qanday yozish bugün bizning bugün bunu ya bir bilen yazımız ya örnek kalın yazımız. Kulağısız kalan canım ilmlerim, canım akıllarım, ustazlarım. Ama kıymetlik en mühim milletin erkekleri, milletin törükleri. Bugün sizler Facebook sahibelerde, bugün sizler Instagram her türlü bu yerlerde parçalet yap sözler bilen tüzgün çıkıp bunu dep diken, ölüş gün boş çıkıp bunu dep diken diyen otuz aklımız yap sözler bilen özünlerinin vaktini sırat kılavatın vaktini adı şunu oylap yanlaki ben muşu yorum yazılatkan vakti yazılatkan vakti ve de kayıt açarım kayıt çıkışının basıncılık aslında oyulup pek ama ben şu vicdanımla ağırma şu vakti atlanma sıra ahıra kadar şu cumhuriyeti yazışını davamlaştırma vakıtlarına barışla şu vakti bu aydınlıcıdır. Elbisiler şu vakti oylap durup ağzını ayak durup ben majorumlu yazgıcı neymiş sıvalayım. Mağdurları teyirgan kılgıcı neymiş sıvalayım ben. Bedenliki tayarınlaştırım ben. Neymiş sıvalayım vicdani duygu hiç olmasa imanılarının sadası kulak ama şu vakti bütün aramızdaki bütünü basat akmaz geplerinin hemmesi biz kılıp hemmesi toktaydı. Biz Allah'a layık ol boğa vaktimizde vedengi layık evlat boğa vaktimizde en evvel bizge erişildi. Lekin bugün hemmimiz ey vedenin üstümüzden sonra girip kulağını Allah'a layık olduk mu? Geldik ya kulağladık mı? Bunu çoğu iş bozma bütünleri bakan arınlık neyli çoğu teşkilasın ya ki adli bir şahsın işe yapıp çıksın çıkmasın altın bir sıkıntı kendi başta yapılıp bizde zulümden asla karşılaşmayacağın bir iştahını kılavattan bugün günümüzde Nusret bizge layık bilen soraylı Nusret'e layık iş kılardık mı da soraylı Allah'tan kalksaçtım. Bizge ne işten Nusret işmeydi o diyeyim ne bu Nusret'e layık mı da soraylı kayırındaşlarım. Nurgun kayırındaşlarımız üntünsüz hizmet kılavatı Allah onlardan razı olsun. Biz olsak koççular vaktimiz lan beri vaktimiz Kıtay'a uçak sahnesi yaptınız. Kıtay'ın bizi droğu etkilik yaptınız. Bahane yaptınız. Kıtay'ın ulandırıvattınız. O kıfki yarışılgan işlemler. Bugün sen tüketsen yok olup gitsen diyen takdirde mi? Ben levhul mahfuzda yazılıp boğan necatlıkı erişmiş. Mümin benderle şeyinç bilen kademle erişimiz gerek. Bugünkü emellerimiz şundan kademle erişimizde bir Türkiye bulanmağalık için, şundan bir kademle erişimizde hiç kim olsun vesile bulanmağalık için bugün biz şükürleşi vatımız, bugün biz ümitsizimiz, bugün hiç kandan bir tarık geldiğimiz gibi. Ama cennet özümüzü malzemeyle, cennet bilen özümüzü teselli tapmayla. Bugün öz onun vetineden ibaret bu katlı nimetini tartızı koygan, acısındır ama işbet mumusudan ibaret öz onun oran vicdanını öldürgen. Bugün günde sana Allah Teala'nın da yapılan özü
Kulağım bilen anım. Şu vaqt acayip azaplık ekan. Oylab bakaylı. Bugünkü izzatga erişemesek, ertki Rabbimizin aldırki izzatga erişemeymiz. Biz ertki izzatdan ümit kitaylı. Bugünkü izzatga qo'lga keltirmaydi. Ertki izzatdan hergiz ümit kitaylı. Sözlerim qayrinlashib. Yani en muhimi xulosadan kalan her bir yorumlarımızda, her bir gaplarımızda, bugünkü yazgan gaplarımız, sözlerimiz Allah'ın aldığı vaqtda. En muhimi tarixda. Bu bir tarixqa hemmemizin gapi yazılgan. Bu tarixda o'qigan vaqtimizda avlodlarimiz bizga deydi. Allah razı olsun. Boyun mesajımızda qo'ygan bo'ldi. Biz yangi fikrlarga muhtoj bugungi vatanimizda. Allah razı olsun singlim. Men asli davom qilsangiz yaxshi fikrlarni bo'lardi. qo'llayli. Qo'limizdan hammamiz qo'llayli deb oxirida yetmiz. Allah razı olsun. Sözünüzde Komşiyatı için layık gördüm. Başkalarınki yani çok aralarında kaçan yoksa yani okul yetişine sorayım. Allah razı olsun. Rahmet. Singlimizninki sözünü oyoqgacha anglagan bo'lsak nihoyat yaxshi bo'ladi, ammo to'r surati biroz yaxshi emas ekan. Ovoz biroz uzilib chiqib oldi, uning uchun so'zni qisqa kesdi. Bundaqda bu singlimizdan Allah razı olsun. Uyg'ur xalqininki, Sharq Turkistonlik qarindoshlarning uyg'onish uchun har zaman o'zining ovozini ikranımızda veya ki başka faaliyetlerde yanırtıp kelyapti dem yanıratqısı inşallah bundan keyin eğer hammaylar destek bulup bununla yardımcı bulup qilsak inşallah bizim farzandlarimiz, singillarimiz, inlarimizning ichidan haqiqiy erkaklar, haqiqiy xonimlar chiqsa kelgusida inşallah bu bütün Sharq Turkistonninki kelajagi bilan munosabatlik yana bunday shaxslarning chiqishi inşallah Allah bizningki so'zlarimizni xatolikdan xoli qilsin. Men so'zni sizlarga qaytarib bersam, oxirgi so'zlarni olay va programmamiz mishada oyoqlasin. Sizlarga qarindoshlarimizga, xalqimizga, muhojirlarga deydigan oxirgi so'zlarni olaylik. Allah razı olsun. Sonumuzdan bu cesaretinden Allah razı olsun. Cenab-ı Allah cesaret, iman, iradesi, tehim irade kuşak versin. Ve hemen acı sanırlarımızla ve erkek karındaşlarımızla bu sonumuzdan bir ibret edip hiç bulmasa yüzününki Türk koyulan cesaretin çok eslik etmişini arzu edilen sonumuzdan Allah razı olsun. Benim ahirki fikrim birleşikte hem alim karındaşlarım Kur'an hadisten davetini kurulatıdır. Ama birlik diyelim esasını bulmalıdır. Şunun için benim birlikteki emelini ben hem karındaşlarının birleşip bir aparat. Bunda diğerlikimden bir şahsına hakim nimkiydim yok yani hata düşünülük olsun. Meyli Dolkun hesap olsun. Meyli sürgün hükümünün başı olsun. Meyli Hidayetullah Hacim olsun. Meyli kim olsun. Meyli Seyit abi olsun. Qaysi kim layık olsa şu karındaşlarımızın birini çok oturup baş tikleş arkalık onun kemiklerini kol tutup bulungan Ali Şura ve ciddi şuralı oluş arkalık bir başını oturup çıkıp Xitay kafirlerinin ki casuslarının etimizde çirenmeydiğen bu davayı çok yetip durup bunun arkasından bunun arkasından gep tapıdığı adamların birleşke vaktimizde enak bulundu, aşklar bulundu. Onunla mı verip hesap soraydığan neme için fitne takip sen, neme için gep takip sen der. Biz halkımızga hakiki çıkıdığan bir aparatını kurup çıksak. O vaxtda mesela Türkiye'de nurgun qiyinchiligimizning iqtisodiy jihatda her türlü qiyinchiliklar var. Başka devletlerden buluşu mümkün. Mesela bir aparatga bo'lgan vaqtida 1 milyon xalqimiz bor desak chet elda 500'ü berilmagan bir taqdirdimi qachoniki biz ashta ishonchli bir aparatni qurib chiqsak 500 ming odam kuniga 1 liradan pul chiqarsa 500 ming lira bo'ladi. Vatanimizga qatalaymiz ve xalqimizmi bu qiyinchilikdan ve bu xorliqdan qutuladi. Evvelen biz vatanimizda ras azatlık, ras hürlik, ras kuruşunu isteydiğen bolsak, ras Xitay kafirlerinin, nicis kafirlerinin qo'lidagi o mazlum xalqimizni qutqizishga rasçil, hamma qarindoshni rasçil deb umid qilaman. Bunlar deganligimdan qolmasin.
haqiqiy vujudimizdan qaynab chiqib rastgele bo'ladigan bo'lsak, biz evvelen bu chet elde birleşeylik. Bir devletinin şeklini, bir aparatının şeklini, bir hükümranga, bir başka, bir şuraga boysunduğan bir merkezi aparat kurup çıkaylı. O vaxtın özde halkımız, chet eldeki halkımız korluktan kutansın. Bu her türlü kıyınçılıklardan tutulsun ki o vaxtda Rabbimizge kılgan emellerimiz yarısın. Rabbimiz her türlü yolunu çıkarıp verleydi. Çünkü Musa Aleyhisselam'ın Nil deryasını yerip durup yol çıkarıp vergen. İbrahim Aleyhisselatü Vesselam'ın otu saklagan, Musa Aleyhisselam'ın Firavun'un kulduğu baktıgan Rab bizden Rabbimiz. Allah bizden ilahimiz. O zatının kudreti tükep kalgını yok. Çünkü Allah Kur'an-ı Kerim'de وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَسْرُ الْمُؤْمِنِينَ Minin müminlerge minin vacibim, minin hakkım yardım veriş dedi. وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَاَنْتُمُ الْاَعْلَوْنَ اِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ Sizler gam kaygı çekmenler, esret çekmenler, mümin bolsanlar sizler üstün dedi. O zaman Allah'ın ayeti biz hakiki mümin bulaylı. Hakiki mümin bulaştırışaylı ki belli şeyle. Kur'an'ın hadisinin istigindek mümin bulaylı. Kur'an hadis diyen o birlikte vücut çıkaraylı. Bay diyen Allah'ın yardımı bizge gelsin. Bu horlukta Cenab-ı Allah tarafından götürülsün ve başka yardımcılarını üver çıkıyor Cenab-ı Allah. Kadir, şunun için aziz karındaşlarımdan istediğim müçet eldik barlık muhacir karındaşlarımdan emmeyle hakiki cesaretimiz, hakiki vatanını cürkümüz eşitken olsa irtibatı geçeyle, Allah'ın geçeyle karındaşlık ortaylı, teşkilatlarımızga yardımcı bulaylı, başka karındaşlarımızga yardımcı bulup bir aparatını ve kurup çıkaylı kılanmaydıgan iş emez. Bütün devletlerden 10-20'den vekil bolsa, Türkiye devletinin saylan bolganda dünyanın her kaysi yerinde yaşavatkan halkımı sandık arkalı çüvege oyunu evazını taşlap bir başlığını saylaydı aziz kardeşler. Bizim insan şunu kılganı biz kılanmamdık. Bu nesini bir kılıp çıksa şu vaxtın özüde bütün aralığımızga ecilip ketken yuçuklar tüketmedi doğdu. Qarayman, onun da kim bulaştın ki o qat'i nazar. Şuna ben bu bay degen qarindaşlarının çıkışıda Cenab-ı Allah'ın bir ayetini okuyman. Estaiz billah. Minel mu'minine ricalun sadaku ma ahadullah aleyh. Estaiz billah. Minel mu'minine ricalun sadaku ma ahadullah aleyh. Müminlerin içinden bir türküm erkekler çıkıdı dedi. Aziz qarindaşlar. Ay müminin degen siği degen mümin erkeklerge işitilen bir siği. Şu minel müminin degen müminlerin içinden cümle erkek. Ama şulanın içinden yani bir türküm erkekler çıkıdı deydi Allah. O erkekler Allah'ta bergen ehdiske vapa kılıdı deydi. Allah'ta bergen ehdiske vapa kılıdığın bir türküm erkekler çıkıdı deyip Allah degen iken şu erkeklerden buluştukça bizne müyessebdeysin. Şu erkekten buluşka üzünün küçüğü layaktı ba, üzünün ki kızgarlığı ba Allah degen erkeklerden buluşuğa tirişidigan arzuyu ba qarindaşlar bolsa birlik gelse müstüran geplişip bu halkımızga hakiki igi çıkıdigan bir aparatını teşkilatlarımız bilen gep qilish arkalı bütün cemiyetlerimiz bilen görüşeş müstürane nime gerek bolsa şunu qilish arkalı aş qarindaşlarımızdan bunun çoğu hayır kılıp halkımızdan imzasını toplaş arkalı bulamdı halkımızdan fikrini eliş arkalı bulamdı bir aparatını çoğu kurup çıksa şu bay degen Allah müminlerin içinden mi hakiki Allah bakılalaydıgan bir türküm erkekler çıktı degen bir gruba, bir goro, bir erkekler çıksa inşallah şu birleşse hem meylen uyad oturup kötkot, uyad oturup kötkot, avanı kılıvetti, manı kılıvetti de mao keyni de gep kıldığa işini tüketsek, biz erkek boğan diken, biz mümin boğan diken, bay Allah mümin bolsak yardım kılımen dedi, müminler menin yardım kılışı hakkım vacip mana dedi, biz mümin bulaş için arkadan gep kılış şeriatte, hatta guman kılış şeriatte ayet-i kerimde Allah toskan. Aziz qarindaşlar, aqsın emili boğan gepni deyiş g'aybet haram degen, biz to'ng'iz go'shini yemeymiz, başka narsani haram o deb yemekni ilg'ab yeymiz. Allah razı olsun ixlosimizga. Ama g'aybetni cho'da suvdek ichib aziz qarindaşlar. Buni tugutayli, tuhmatlarni tugutayli. Tor dunyosida Xitoy kafirlarining nejis jasuslarga yo'l ochib turadigan tor dunyosida fitna chiqarib, gap atadigan ishni qilmaylik. Erkek bo'lsa, haqiqiy vatan suyar bo'lsa, haqiqiy zulmimiz ishilgan nochi bo'lsa, tor dünyası tullamay, 100 liranı kelip çoğu deyişeyle, her kandak gep bolsa 100 liranı gepletsek tügüşüdür, aziz qarindaşlar. Şunun için menin halkımdan arzu kıldığının aşındak bir erkekler, aşındak bir qarindaşlar çoğu çıksa,
birleşsek, bütün teşkilatınınki on kolu, sol kolu bulap durup, şu qarindaşlarının müço kılgan hizmetleri Allah razı olsun. Ama hizmetini utuqluq qilish uchun ve ta'sirli qilishimiz uchun, Qur'on hadisga tushishimiz uchun Qur'on hadis degan o birlikni qo'lga keltirishimiz kerak. Qur'on hadis degan o'zimizni o'zgartirish kerak. Şu o'zini o'zgartmak uchun umum holatni o'zgartmaydi degan oyatda Abduvali qoriga hamma anlagan bo'lishi mumkin. Bir podshoh bir ko'lni chepib, hamma xalqni sut ekka debdi deydi qarindoshlar. Süt ekka desa her bir odam uyda o'tirib, men bir suv apag'in qog'odam sut ekkaganlikka qilmaydi deb, hamma odam aşağı su götürüp verip, köl süt emas, soğuk tuşap qolgan deydi. Aziz qarindoshlar, mana o'ylab boqaylik. Demak, az soğuk tuşap qolgan köl jamiyatning umumiy holini. Biz o'zimiz tuzalmagandan xalqning hammasi süt ekka desa buyruq itoat qilmay, başta o'ylab, niyatining fasid bo'lib ketganligi uchun, buzuq bo'lib ketganligi uchun suv apirib, köl so'g'ib tuşap qolgan. Aslida sütga tuşap loyiq bo'lgan köl so'g'ib tuşgan. Aziz qarindoshlar, shuning uchun biz o'zgarsak, Cenab-ı Allah cho'qimizni o'zgartirdi. Yana lakin qarindoshlardan eng oxirgi tavsiyam, biz vatanda uyg'onib qolgan, uningki eng siliq iborasi nima ekan desa, yağlamalık deymiz, yağlamalık. Yağlamalık, eningdan sal qo'polroq so'zlansa, ta'sirkashlik ma'nosilarni tug'izadi qarindoshlar. Haqqoniyatchil bo'layli. Har qanday odamning, har qanday shaxs uning do'zaxi yo'q, jannati yo'q. Jiq qilsa jinimizni oladi. Eng cho'ng qilsa Allohning bergan jinimizni omonat oladi. Yana u og'anlik dunyoda tugab ketganlik bo'lgan bilan mangulik hayotga erishish qarindoshlar. Shunga cesaretlik bulaylı, erkek bulaylı, korkmaz bulaylı, Allah'a tevekkül kılaylıki bu işimiz ele olsun. Ben en ahırda Peygamber Aleyhisselam'ın bir hadis söyleyen gittiğini ayarlaştırdım. O hadisten Arapçasını hazır hatırlayamadım, Uygurcasını deymen. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam şuna diyen, bir zamanlar kilido, kafirler, Müslümanların çoğu, xuddi takside yiyişke hazırlanan taamga okşaş, hiç korkmasın, hiç uyalmasın, kol uz yeydi o diyen. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'dan bir kısım sahabeler şunda soğan. Ya Resulallah, o vakti Müslümanların azlıqıdın şunda bulandı. Müslüman az botqağanlığı için ona taksizki taamga okşaş kulağını yeniyor diyen nesitlermişler. Yani Peygamber Aleyhisselam şunda dedi. Ya Müslümanlar az emez, Müslümanlar intihayın kör. Ama Müslümanlar sunun özü de yıkılgan ehletle öcüdün tapkan, küçük okşap kaldı. Kiretkenmeydiğen, kürünüşlü intihayın cep tavdek ama hiç nesini yarmaydiğen küçük ayını kalıp küçük okşap kaldı. Ezizlerimizle. Bunun sebebi ne mi ya Resulallah diye vakti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam diyende ne dedi? Ulanın kalbini vehne oluyor dedi. Vehne digendini ya Resulallah diye vakti da Peygamber Aleyhisselam şunlar dedi ezizlerimizle bu dünya ve kerahiyetin mevt dedi. Aşında ehlik okşap koyduğun Müslümanlarını çoğa kiretkenmeydiğen bir türküm lojik aylandırıp koyduğun neyse hayatı dünyanı yaş güreş, ülemni yaman güreşten ibaret bu illet Müslümanların kalbini urvalıdı. Şu arkalık düşmanları, kafirler ulanı taksizlik taamı okşaş, hiç uyalmasın, rahat yeydi. Ulanı Müslümanların kafirlerini korktuduğun heybetten Allah götürüydü. Şu arkalık taksizlik taamı okşaş, tusaksız ulanı yeydi diyen eziklerin başlar. Bu yerde şunu olayla, bu dünya karahiyetil mevt. Siz dünyanı yaş gördükensiz, korkunca bulursunuz. Dünyanı yaş gördükensiz, yaşayışını yaş gördükensiz, korkunca bulursunuz. Korkak adamın kulüdün çoğduysa, işkembeydi. Korkak adamın katıdın, kulüdün, sekilmelik mekilidir, hıyanet mekilidir ve emmin eskilidir. Şuna Peygamber Aleyhisselam, hayatı dünyanı kattık yaş gören, ülemni yaman köygen adamını böcük okşatlar izlerimizde. Biz bunda digellik, ülemki üzerine çoğa edival digellik mi emez izlerimizde. Ülemden korkmağa vakitte, fakat Allah'tan korkmağa vakitte, Allah derken cennet, Allah alıdı dep durup cesaretlik olan vaktimizde, o vakitte bir kişini kılalayınız izlerimizde. Bizden halkımız o kadar zulüm tatvatkağı vakitte, biz emeliyette o halkımızın zulüm tatvatkallığını avvelen Allah'ta, andır halkaradaki insanlara emniyetimizden ispatlap bırakırsak, emniyetimizden uçturalırsak, Recep ma insanın zulüm tatip edip de diğerliğe vaktimizde kılır. Bir adam, bir tamga çıkımen dep dursa, tamdan tuyduk oturap, bana yardım kıldız, bir kim yardım kılmaydı eziklerin başlar. Ya tılpını oynap otursa yardım kılmaydı, kuruk kep kılıp otursa yardım kılmaydı eziklerin başlar. Tamga çıkmak boğmakçı boğan adam, koludun tegence tırnakları yedilip ketkice, barmakları işleyemez hop ketkengice, kollardan kan ekip ketkice, o tamını tırmılap,
aşında bulup ketken takdirde körgen insanlarım deydi ki ma insan, ma biçare arkamdan üstü çıkmasa unumaydıken çıkış gerekken, kollar gerekken mes bop gitipti. Barlık kolundan kelgen işin tuttu. Bunun konuda öyle şu tamığı bir çıkarıp koyayla dep ketip bağın adamlar onundaki yardım. Biz vatanımız için aşında Türkiye'yi barlık vücudumuzdan kelgen barlık kabiliyetimizde barlık işimizni ameliyat aşırayla. Allah dua kılgan vaktimizde ey Allah, ey Rabbim ben olamdan kelgenini kıldım. Halkım zulüm çektik vardı. Anam zulüm çekiyordu da. Senin tecavüz uçurağıydı da. Anılarım şu akıbırsın. Ey kardeşler. Ben şahsen bir anamla tövbe görüşemedim. Anam hayat mı? Ya ki ület gittim onu bilemedim. Açılırım, sınırlarımdan çok. Nerede ikenlikine hayat mı akıllarım? Kim var hayat? Kim nerede? Nemiş kılıyordu? Tövbe'nin ya ki bir eğizimi olsa haber alamadım aziz kardeşler. Bunun okşaş kardeşler, kumun aziz kardeşler. Ama biz yani çoğu ise hiç iş bulmagandaki yaşayotimiz. Aziz kardeşler, canım kardeşlerim. Biz bayligen Allah'tan korkaylı. Ölüm hemen geliyor. Batır olsak mı geliyor? Zayıf, aciz olsak mı geliyor? Korkak olsak mı geliyor? Ama bizde bir nakli var ya, saçkanlık bir yıl yaşarken yol vasıtek bir gün yaşar dedi. Aziz kardeşler, şu mu yaşar, bu mu çok şerefli. Onun için tırışaylı kardeşler. Hem dünyadaki teşkilatlar, bayligendeki bir başlık gelse, minin maksimum bir güçtek ölen, bir düdük ölen, bütün devletliğe hiç kanda zarar yetkizmeyken asasda her bir devletin meydanlarına ak giyimlerini, kibellerimizde giyip çıksak, biz bolda hayat toştuk. Ya toymadık mı ya kardeşler? Açılarımız, sınırlarımız aşıyla namus uçuravatsa, biz rahat böyle yatalısak, biz onunla nispeten hareket kılmasak, onunla nispeten oylamasak, onunla nispeten çıkış yolu izlemegen bolsak, bizdeki kendi o gurur, kendi o iman, kendi Peygamber Aleyhisselam müminler bir ceset, bir parçası onundan eziyet alsa, yana bir parçaları kuyamaydı, yana bir parçaları kızıp gidip, onundan tesiratından çok aram alamaydı diyen o müminlik kendi eziyetlerinde. Resulullah diyen şu müminlik kayıtlaydı. Kolumuzdan gelgenler çok kolaydı. Evvelen bu birlikte hem meylenin küçük kılışını ümit kılmen. Vay diye ayet-i erkeklerinin çıkıp irtibatla birbirimizi alakalı geçip bu birlikten emeliyatki aşırış küçük arzu kılmen. Onunki bir şahsi bula süttüm bilen kolamdan kelgen barlık nimi olsa hatta cenim kitemde nimi kesse ben bu birleştiriş küçük bunu da hazır karındaşlarının bunun destek verişini ve birleşip küçüşünü ümit kılmen. Allah hem ondan razı olsun. Hata yapıp koygan bolsam ben insan hem onlardan çok keçirim so'rayman. To'g'ri deyman deb turib xato ketgan bo'lsam, ba'zan çok insonlikda gap qilish berganda xato talaffuzda chiqib ketgan bo'lsa, boshqa bir qarindoshlarimga qaratmalik bo'lib qolgan bo'lsa, Allah inshaalloh niyatimni Allah bilib turg'u uchun men hech zatda buning bir qaratmalikdan iborat narsani qilish niyatimda yo'q, undan niyatni qilmadim. Ammo insonlik holi chiqib ketgan bo'lsa, hammalardan xato ketgan yerimni tuzitib olishini kechirim so'rayman va xato ketgan yerimni xato talaffuzlab qo'llanib qolgan bo'lsam, ba'zi qarindoshlarning ko'ngliga tegadigan gaplarni qilgan bo'lsam, kechirim so'rayman. Allah hammalardan razı olsun. Allah razı olsun. Rahmet özlerine sizlarni köp charchatdik. Qarindoshlarimiz o'zlariga jiq duo qildi, salom yo'lladi. Ba'zi qarindoshlar sizlarga ayrim telefon qildigan bo'ldi, inshaalloh. Men miyaga telefon nomerini chiqaraman deb unutib qolibdim. Men hozir darhol bir telefon nomerlarini ekranga chiqarib qo'yay, eng oxirida bo'lsinmi. Sizlardan Allah köp razı olsun. Qarindoshlarimizni zerikmay naq maydondan bizni izlagan bo'ldi. Allah hammalardan razı olsun aziz qarindoshlar. Oxir deydiganimiz bu suhbatdan butun dunyodagi qarindoshlarimizningki manfaatlanishi uchun ham bahrilisanglar, ham ko'p qarindoshlarimizning duosiga erishsak, agar suhbatimiz bizga bir foydali bo'lgan bo'lsa, inshaalloh butun qarindoshlar bundan foydalangan bo'lsak deb o'ylayman. İnşallah yana bir qatimliq suhbatimizda ko'rishgacha. Amin bo'linglar. Allah hammalardan razı bo'lsin. Men ekranga shu telefon nomerini yozib o'tgandan keyin programmani tugataman inshaalloh. O'zlaridan Allah ko'p razı olsun. Men Surojim.
Allah ilimlerini tağımız ziyade kıysun. Amin. Allah sizden razı olsun. Şunda hayırlı işler vesile bolganlıklar üçün Allah sizler ecrayını takılsın. Cenab-ı Allah hem beylerine ağzımızı, kalbimizi, emanetimizi birdek hakiki mümin bolganını istiyorsun. Bu fitne fasatlıklardan, bu fitne horluklardan, kafirinin her türlü uyanları gidilen bu nadan ahmaklıklarımızdan çok Allah bizi tutkarsın. Allah Cenab-ı Allah bize birlik, beraberlik çok nisip etsin inşallah. Amin. Aziz qarindoshlar, bugungi suhbatimiz mishada oyoqlashdi. Men bu nomerni yozyapman. İnşallah yana bir qitimliq programmada görüşkicha aman bo'linglar. Hammanglarni Allohga topshirdik. Allohga emanet. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.